Assalomu alaykum. Bugun shu programmamizda ishtirok qilib ko'rayotgan barliq qarindoshlar oldi bilan ulug' Ramazon oyinglarga muborak bo'lsin. Alohida bir programmani o'rlashtirdik. Mediada necha yillardan beri xalqimizningki qalb to'ridan o'rin olgan va xalqimizning ahvollarini, fikrlarini, ideyalarini her vaqt bizga qo'ldan kelishicha o'zining yolg'iz bo'lishiga qaramay barliq amallar bilan bizga sunib kelgan bu yerda bir ikki azimatimiz bor bugun. Bizning oldimizda buning birisi Hüseyin Tecelli efendim, yana birisi Ahmet Biday efendim. Bu ikki programma riyosetchimizningki simasi hammalarga tanishliq, ammo ularning nimalarni o'ylaydiganligi, yani bularning ekranning orqasidagi hayotininki qandoq ekanligi haqida nurg'unlarimizningki qiziqishi bor. Bugun men mushundaq bir fursatdan foydalanish orqali mushu ikki azimatimizningki, azizlarimizningki o'ylari, xiyollari, g'oyalari, qo'rqinchi va bularningki boshqa barliq mushu kasbida tartgan riyozatlarini haqida bir anglab beqishni xohlaymiz. Shuning bilan bir vaqtda biz bular orqali o'zimizningki mushu erkin media ishlarimizninki kelgusi taraqqiyotining qanday bo'lganligi haqida qisqacha bir mulohaza qilmoqchimiz. Hamda bu ikki azimatimiz nurg'un o'rtoqliklarga ega. Har ikkalan Qashqa diyoridan, har ikkalan keyin turli qiyinchiliklarni yengib oxir Gollandiyada yerlashgan. Her ikkalan Uyg'urlarningki mushu zamonimizdagi eng cho'ng ma'naviy ehtiyojlarning biri bo'lgan mana mushu televizor kanallari orqali Uyg'urlarning sarxillarininki ideyalarini xalqqa yetkazishda ko'rlikli rol o'ynab keldi. Lekin her ikkalan o'zining kasbida yangilik yaratishga tirishdi, to'xtamasdan izlandi, nurg'unlagan ba'zi chog'da nurg'unlagan olqishlarga erishdi va ba'zi chog'da ba'zi bir xato tushishlarga va tanqidlarga duchor bo'ldi. Bularning hayoti tipik bir jurnalistninki, muxbirning va programmaninki boshqaruvchilarining bir hayoti bo'ldi. Bu jihatdan ikkalanning nurg'unlagan o'rtaqlik taraflari bor. Ammo ikkalan o'ziga xos ideyaga, g'oyaga va nishonga ega shaxslar bo'lish sifati bilan yana u ikkalanning mangan yo'llarida yana ba'zi bir farqlarmi, o'zgachiliklarmi bor. Bu farqlar albatta bu ikkalanninki programmalardagi xoslikni bizga so'zlaydi. Shundan bir vaqtda bu ikkalanninki o'xshash bir ishni qilayotgan bo'lsa-mu, lekin o'xshamagan, ba'zi joyda o'xshabroq ketadigan bo'lsa-mu, ya'ni ba'zi yerlar o'xshamaydigan maqsadlarni ko'zlab manganligidek bu xil amaliyotdan bizga so'zlaydi. Xo'sh, bugun biz bu ikki azizlarimizni bizning ko'rurmanlar bilan uchrashtiramiz. Endi nəhayət qiziq bo'lgan yeri, men ilgari bu ikkalanning oldida o'tirib bularning savollariga javob bergan. Endi bugun jahon aylanib, bo'soq aylanib, men savol so'rayman, bu ikkalan javob berdi. Albatta bu yerda bir adolat yurgizilgandek bir tuyg'uda bo'layapman. Xo'sh, endi men bugungi programmamizningki qurilmasini qisqacha diqqatingizga sunmoqchiman. Birinchisi, men har ikkalandan ayrim savolni so'rayman, qisqa qilib. Ko'p bo'lsa bir yarim soatdan 40 minut chiqish bo'ladi. Endi ikincisi her ikkalanga ayrım, yani ularninki mushu safardagi o'zgacha uslubları, ularning ideyasi va mushu nishon yetishdagi turli tajribalarini asos qilib turib o'xshamagan 3 savolni har ikkalanga sunaman. Ular mushu savollar bo'yicha o'zlarininki tajribalarini bizdan o'rtoqlashdi. Andan 3-chi qismimizda programmamizningki biz buni ko'rurmanlarimizga echib ko'rurmanlarimizdan javobni biz Facebook orqali elib, men bularga sunaman. Bular sizlarning savolingizga vaqt yer bergan ahvol ostida ham savolning o'ramiga qarab turib javob berdi. Andan bu ikkalanga, bu ikki azizlar degan deb qo'ygan gapim o'yinning qoidasini oxirgi tushuntirishimda bundoq bo'ladi. Bizning programmamiz birisi kech boshlanganligi uchun, ikkinchisi bizningki bu nurg'unlagan mazmunlar bo'lganligi uchun men vaqtni intayin ching tutaman. Ayni vaqtda men savolga javob bergan vaqt shunda ching tutilgan, ba'zi chog'da gapim arilinib ketib qolgan. Bu qitimmi men bulardan apo so'rayman. Agar bularning gapini men arilib ketib qolsam, maqsadim faqat bir, ya'ni
vaqtni kontrol qilish. Vaqtni kontrol qilgan vaqtimizda mazmunni va boshqa jihatlardagi mazmunning ravonligiga ta'sir yuzmagan asosda vaqtni kontrol qilmasa qolmaydi. Xo'sh. Qani bizningki azimatlarimiz programmamizga xush keldinglar. Rahmat. Alaykum assalom va rahmatulloh. Assalomu alaykum. Xo'sh. Allah razı olsun. Avval ben nimine gepni Hüseyincan'a berey. Bo'ladi, unda men Hüseyincan'dan so'ray. Unda birinchi savolni Hüseyincan Tecelli efendim. İsmingizdan chiqib turdiki, bu Hüseyin Tecelli bo'lib, Tecelli bizning danglik shoirimizningki taxallusi, siz taxallusdosh. Hayotingiz nihoyat egiz pastlikda o'tgan bizningki shu tashviqot sohasimizdagi nurg'un ajrson degan bir qarindishimiz, abayman degandek. Biz sizning ba'zi kechirmishlaringizdan xabardor bo'lsak, meni ba'zilaridan xabardor emas. Shu munosabat bilan bugungi mush fursatdan foydalanib o'zingiz haqida ko'rganlarimizga qisqacha qilib, o'zingizning kim ekanligini to'g'risida ozroq bir ma'lumot bera olamsiz sizga. Allah razı olsun, rahmat. Tunji qitim 3 yildan keyin Hidoyat ishkironi orqali sizlik bir doktorninki ziyorat qilishiga tunji qitim muyassar bo'ldik. Buning oldida bir qancha bizningki hozir Uyg'ur muhojiratdagi danglik media organlaridan 2 organ meni ziyorat qilgan, ammo ular chiqolmagan edi. Tunji qitim yana shu o'zimizning ishkironi chiqqan bo'ldik. Demak, mustaqil medianinki foydasi mush o'xshaydi. Men Hüseyin Tecelli bu tecelli degan taxallusni keyingi zamonda qo'llandim. Gollandiyaga kelgandan keyin. Undaq bo'lishida meningki onamning tegi yakandim. Hüseyin Xan Ekber Tecelli hazratimizningki jutudan hamdi onamning tegi, ammo o'zim dadam Qashqardan, onam Qashqarga kelib to'ygan ekan. Men o kishininki chet elga chiqqandan keyin tarixini yaxshi o'qidim. Vatandagi vaqtimizda jiq bilmaydi ekanman, az bildi ekanman. Uning uchun shu Tecelli hazratninki nomini yashitish uchun shu hazratimninki ismi davomliq millatning oldida bitilib ilinib tursin deb Hüseyin Tecelli degan shu Tecelli degan nimani qo'llandim, taxallusni qo'llandim. Kechmishimni so'zlasam bo'ladimi hozir? Bo'ladi. Qisqacha qilib so'zlab bersangiz. Hozir yüzlerce, minglarcha kishini ziyorat qildik, ammo bugun o'zim ziyorat qilgandan keyin menga bir hayajon kirdi. Men Qashqar shahar Chasi ko'cha boshqarmasida shu yerda tug'ilgan. Yetka masjidga 2 kilometr, 3 kilometr atrofida keldi. Ya'ni shaharning markazida cho'ng bo'ldik. 4-5 yosh vaqtimizdan tortib diniy bilim oldik. Ya'ni men bir normal ticaretçi ailesinde bek dindar bo'lmasam, normal dindar ailede çoğun buldum. Şu vaqtdan tortib diniy bilim oldik. Bundan keyin Qashqar viloyati 1-chi boshlang'ich maktabga kirdim. Bu yerda 5 yil o'qib bo'lgandan keyin to'liqsiz maktabda 2,5 yil o'qidim. 3 yil to'liq chiqadigan vaqtimda bir she'r yozgan va kichik tipli bir kichik tashkilot qurganlik munosabati bilan maktabdan chiqishga majbur bo'ldim. Yani mektebni saqlab qilish uchun bizlar chiqib ketgan bo'ldik. Undan keyin tijorat qildim. Dadam tijoratchi bo'lganlik uchun. Tijorat qilib Qashqar O'daldi, Qashqar Yangbozor, Qashqar Xon bozori degandek shu Qashqarning markaziy tijorat o'rinlarida tijorat qildik 5-6 yil. Bu tijorat qilish jarayonida arabcha bilimni shu vaqtida ustozlarimiz shu yerlik şu vaqtdagi hayat ustozlardan ders olgan bo'ldik. Zeyniddin Abid hazratlaridan, undan keyin İşan Hacim Arıtürk mahallesida Qashqar shaharchida. Undan keyin tunji qitim maktab yuzi, diniy tarafdan maktab yuzi ko'rgan yerimiz shu Qashqar shaharlik til texnika maktabi, Abdulhamid Domollovninki qurgan maktabininki tunji qarorliq o'quvchilari biz. Tunji yilnisi shu 2 sinf arabcha sinf ochganda shunga kirib o'qigan bo'ldik. Undan keyin 97dan 2000gacha shu diniy da'vat uyg'otish harakati ilib borgan bo'ldik hisobda. Bizga ko'ra diniy da'vat Qashqar, Xotan, Oqsu, Qucha, G'ulja, Bo'rtala qatorliq köpleyen vilayetlerge berip şu anda seyyare davetçi olup hem bir taraftan yerim mahfi şekilde
xizmat qilgan bo'ldik. 2000-yilga kelganda rasmiy, ya'ni 1999-dan oxiri to'y qilib bir qancha oydan keyin Xitoy meni tutishga keldi uyiga. Men uyda bo'lmaganligim uchun meni ikki inimni tutib ketdi. Yani ikki mashina saqchilar yoki harbiylar chiqqan ekan. Men shu yerdan qochgancha 99dan oxiri 2000gacha 6 oy Urumchi, Qo'lja qatorliq yerda yoshirinib yurdim. 2000-yilning 5-dan tortib ichkirda bir maktabga Qur'on o'qituvchiligiga bir Tungan maktabiga qo'yilgandim. Teklif qilindim. Shuning bilan ichkirdagi Jingzhou shahrininki Xinanning Jingzhou shahriga berib shu yerda 2001dan tortib shu yerda ham o'quvchi ham o'qituvchi bo'lib 2005gacha 5 yil shu maktabda Tunganlarga dars berdim va o'qidim. Yani o'zim shu maktabdan 4 yillik o'qish guvohnomasini tutkazish guvohnomasini oldim diplomimni. 2005dan keyin men har turli bir amallarni ishlatib, yo'l meni yurib maktabni taqaldi. Xitoyninki majburlashi bilan bu yerda atalmış Şinjan yoki bizning Sharq Turkistondan chiqqan o'quvchilar ko'payib ketibdi degan nim bilan sabab bilan bu yerdan boshqa yerga o'tgandik va oxir pasportim chiqdi. Bir pasportni setib olib chet elga chiqdim. Chet elga chiqqandan keyin birinchi Pokiston, Dubay, Dubaydan keyin Pokiston, Pokistondan keyin Saudiya Arabiston, Saudiya Arabistonga berib 2 yil u yerda shu Mekkada ba'zi ustozlardan dars olgan bo'ldik. Bu ustozlarning ichida Uyg'ur ustozlarim bor. Masalan, Sirajiddin Hojim, Meyli Abdulqosim Hojim bo'lsin, ulardan yerlik kichik grammatika, ma'lum arabcha jurnallardan dars oldik. Yani haramning ichidagi ba'zi arab ulamolarning darsini tanishdik. 2 yil u yerda turib, undan keyin Yamanga berib o'qish maqsadida Shayx Abdulmajid Zindoniyninki bizningki vatanda bir mashhur bo'lganlik uchun u kishiga qiziqib, u yerga vezilish uchun harakat qildik, ammo urush bo'lib ketganligi uchun o zamonda u kishining maktabi mamnoit nuqtaliq maktab bo'lib qolganligi uchun Taqash girdoviga olib borayotgan bir xalqaro siyosiy vaziyat bo'lganligi uchun biz borolmadik. U yerga vizalanmay keyin Misrga viza ilib, Misrga berib Azharga imtihon berdim, u yerga qabul qilindim, ammo shu 1,5 yil jarayonida Mısırda men bir siyasi purak, siyasi küreş, siyasi bir narsa topolmay samimiy aytgan vaqtimda men Turkiyaga inib keldim ustozlarniki maslahat bilan. Turkiyada bir mezgil turdik, mayli ma'rif tashkiloti bo'lsin, uningki qurg'uvchilar emas men, ammo yangi qurilib ish tushgan vaqtlarda ustoz Abdullakim Maqsim Hojimlar, Abdulqodir Yopchan akamiz bilan birga bir mezgil Ahmetcan'ın o zamanda şu yerde bir mezgil tuttuk, Türkiye'de hizmet kılan bulduk. Ondan keyin hem siyasi bisim hem iqtisadi bisim tüpeyle siyasi bisim deganimiz pasportumdan vaqt o'shib ketdi. Qo'limda saxta pasport qoldi. O'zimiz uzatib olgan. Ondan keyin iqtisodimizmi hech qanday nimaga ega bo'lmadi bexatarlikka. Shuning bilan Yevropaga chiqish. Yani aynı vaqtdagi maqsad Norvegiyaga berib bir Uyg'urlarning masjidida xizmat qilish maqsad qilinib, Norvegiyaga bir akamizning taklifi bilan u yerga yo'lga chiqqan bo'ldik, ammo Gollandiyada to'xtab qolib, yarim yo'lda aeroplandan tushirib qilib bizni. Shuning bilan aeroplanim endi metroga ketibdi. Aeroplandan chaqirmoq kerak ketib qolib, shu yerda biz Gollandiyada qolib qoldik. Gollandiyada qilib, hozir Gollandiyaga kelgan 10 yildan oshdi. Bu yerning vatandoshligini oldim. Bu yerda şu aynı vaqtda 2001 yildan tortib kichik bolalarni o'qitganga o'xshash, mayli Saudiya bo'lsin, mayli Misr bo'lsin, mayli Turkiya bo'lsin, mayli Gollandiya bo'lsin, hamma yerda kichik bola o'qitish bilan, ya'ni bir 15 yillik kichik bola o'qitish yoki hatto 20 yilga bosam bo'ladi. Tarixim bor. Hozirgacha mishalik tashkilotlarda xizmat qilgan bo'ldik. Undan keyin shu Qarindoshlik studiyasi nomida Uyg'urlarni tanitish jamiyati degan bir nomda vaqtim bizni ichib, studiyani shuning nomi ichiga qurib, hozir 3 yildan beri tashviqot sohasi bilan shug'ullanyapman. Uning oralig'idagi yillarda davomli meningki shu da'vat, tashviqot, nutq, so'zlash jarayonim shu 1997 ga bordi. Ahmetcanlarning xabar bor, Qashqardan tortib biz xalqqa shu
uyg'unish harakati, diniy tarafdan va'z tabliq qilib, ichkidagi vaqtimda, maktabdagi vaqtimda ham internetdan yaxshi foydalanganmiz. Ayni vaqtida choyxona deyilgan shu Diyorim choyxonasi, Mayin Shamol choyxonasi, Salqin to'r bekiti deganlarning choyxonalarida diniy va'z emas, milliy va'z etib 2015gacha unda xizmat qilgan. Undan keyin chet elga chiqqandan keyin Gollandiyaga kelib, aralıqda 2-3 yil nimamiz uzildi. To'rda xizmat qilolmadik. Gollandiyaga kelgandan keyin shu nimada kamput turish jarayonida 2011 2011'dan tatip 2015-2016'gacha şu vatanda ichilgan choyxonalarda da'vat elib bordim. Undan keyin şu studioni qilgan bo'ldik. Aralıqda 5 yil dam olgan bo'ldim. Iqtidorim, ya'ni imkoniyatim yor bermay. Keyin studioni qurgandan keyin 2017dan bugunga qadar 3 yil jarayonida o'zimizning mustaqil shaxsiy fikronimiz bilan xalqimizga shu da'vat tashviqot media xizmatini qilayotgan unutmag'aylarım bo'lsa. Buni keyin yana to'liqlaymiz. Men qisqacha bir ikki savol so'rab o'tay. Keyin birinchisi Qashqarni bir eslatdingiz menga. Bo'lapmi shu Qashqarda ayni vaqtda qurilgan til maktabi, til texnikumi bek mashhur bo'lgan. Men bir qatim ziyorat qilgan. Shu vaqtda men nurg'unlagan o'quvchilarni ko'rgan yerda Qashqardagi ilm hayotining markazi yurkining birisi. Garchi bizning maktab yurki deganimiz mohiyatda bizning maktabdan ko'proq xalqning talpinishiga erishgan va umidi tikilgan bir o'rinda bu yani bizga bir eslatdingiz. Ikkinchisi bu sizning da'vatchiligingiz, hayotingizdagi bir bir muhim bir harakatning birisi. Masalan, bu shu keyin siz Gollandiyaga chiqqan vaqtingizda choyxonalarda da'vatchilik qilish ishlarini tilga oldingiz. Mush vaqtning o'zida siz vatanning ichiga da'vat qilgan vaqtingizda vatandagilarning bexatarlikni o'ylagan vaqtda qaysi xil qarashlarda, qaysi xil andishlarda yoki qanday bir tayyorlikda bo'lgandingiz qisqacha bir deb bersangiz. Allah razı olsun. Qashqar til texnik maktabiga kelsak, mening yodimda qilishi shu 1986'dan 96'gacha 10 yil, 11 yil ichildi. O maktab butun viloyatga yeyildi. Keyingi zamonlarda 5-6 xil til dars o'tildi. Tunji qitim Xitoy tili va arab tili dars o'tgan. Abdulhamid Damallam arab tili sinfininki o'qituvchisi edi. O bir gap. Bu maktab hamda viloyatlardan, her türlü viloyatlardan kelib o'quvchilarning sonini pek jiddiy ishib, bizning Sharq Turkiston tarixida buningdek cho'ng tipdagi mustaqil va ko'lamlashgan va har xil tilni bahona qilgan shaklda millatninki ma'rifini yuksaltgan va iddiasini ochgan bir maktab, balkim uning oldiga o'tgan bir maktab yo'q bo'lishi mumkin. Chunki butunlay Uyg'urlar boshqurishidagi maktab edi herhalde. Ikkinchisi, mening da'vat tarixim 97'dan tatib kichkimizdan men adabiyot o'qigan bo'lganligim uchun o'zim qiziqdim. 97'dan tatib vatanda da'vat elib bordim. 2000ning o'zida choyxonalarda so'zlaydim, boshqalar bor. Uningga misol keltirgan shaxslar barcha tilda bor ularni. Norvegiyada, boshqa davlatlarda yashayotganlar. Gollandiyaga kelgandan keyin yana men torlarda maqolam yozdim, mayli izdinish to'r bekiti olsun, mayli misraning to'r bekiti olsun, mayli mashhur to'r bekatlarda maqola, munozirlarga qatnashdim normal boshqa taxalluslar bilan. Ammo keyin mening kasbim da'vat bo'lganligi uchun men bu da'vatni yana davomlashtirdim. 2011-2012lardan keyin vatanda choyxonalar olib ketdi. Ya'ni vatanning to'r bekatlari ajoyib ro'naq topdi. Kishilar Xitoyga qarshilam gap qilmasa, asos jihatdan yo'l qo'yildi. Munozir munbarlari bo'libmi, ma'rif jihatdan munozir munbarlari xalqningki asosliq paranglashadigan o'rni bo'lib qolgan shu zamonda butun to'r bekatlarning munozir munbarlari bordi. Undan keyin choyxonalar bordi, bir qancha donliq to'r bekatlarning. Diyorim Dilshod ochgan Diyorim to'r bekatining kim choyxonasining boshlig'i edim shu zamonlarda. Ammo Xitoyga qarshi gap qilmaydik. O ichkidagi vaqtimda gap qilmaydik, ammo madaniyat, til, yiziqchilik, she'r, maqola, tadqiqot, her türlü temalarda, siyosiy bo'lmagan temalarda biz davomli bu yerda so'zlagan, xizmat qilgan.
Bu vaqtda muallim degan nomni qo'llandim. Chet elga chiqqandan keyin bir qancha diniy choyxonalar ichildi. Qarasam boshqa qarindoshlarning choyxonalarni ichib so'zlayotganligini ko'rdim. Men nima ish so'zlamayman deganni nim qilib, men bir choyxona ochdim. Avval 1000 odam qoladigan choyxona edi. Albatta, vatandagi bir qarindoshimiz ichmagan bo'ldi. Men bu yerda turib so'zladim. Buningda Xitoyning hech qanday nimasiga duch kelmadik. Chunki bu yerda biz siyosiy gap qilmaydik. Xitoyga qarshi gap qilmaydik. Xitoyga qarshi gap qilish imkoniyatimiz yo'q. Buning uchun meniki so'zlagan darslarimning hech qaysida u zamonda Xitoyga qarshi gap yo'q. Ammo astirdim bor, ya'ni Allohning Qur'oni Karimdagi oyatlarini, payg'ambarimizning hadislarini dalil keltirib turib, zolimga qarshi chiqish, diktatorga qarshi chiqish, ya'ni dinsizlikka qarshi chiqish, darvinizm, ateizm deganlarga qarshi chiqish shaklida millatni o'yga tutib bizni asliga yoshirilgan narsa o'yga tutish. Shu jarayonda 2012dan 2015-2016gacha hammalarning xabari bor. Choyxonalar emas, butun narsalar vatanda ajoyib taraqqiy qilgan. O'sha Xitoyga qarshilam chiqmagan shaxslar vatanda shirkat qura oladi. Vatanda konferanslarni tashkillaydi, so'zlaydi, Melbourne'ning har qaysi joylarida nimalar tashkillanadi, so'zlaydigan nutqchilar chiqqan. Bizning shoirlarimiz, yozuvchilar nim qila oladi, so'zlaydi. Shu jarayonda diniy da'vatni buning ostida nima yotadi, uni ayrim kirimiz uning temaga. Choyxonalardan islom choyxonasidan 4-5 bor. Uning ichida birisi men. Shu yerda uch qashqari shaklda Xitoyga qarshi chiqmaslik bilan, ya'ni Xitoyga qarshi chiqqanlar, Xitoyning unda qilingan, bunda qilingan demaslik kayfiyatida da'vat, namoz, zakat, urud, ro'za degandek diniy shaklda da'vat etib bordim, ammo buning ostida butunlay milliy tuyg'u, milliy bir va'z bilan xalqimizni uyg'otgan bo'ldik. Bo'ldi. Men tushunishlik bo'ldi. Endi nima vaqt munosabatda men Ahmadjon Burla kechirasiz. Ahmadjon, Labay. Sizga o'xshash bizningki bir so'yimlik bir mustaqil mediachilik ishlarida bizga bir ulgu yaratgan bir qarindishimiz. Sizdan meningki nayt bir cho'lti bo'lishimda nayt bir agir to'qa bir hayot kechirmishlaringiz bor. Mush kechirmishlarimizning eng bir o'rnaklik bizning bir esishimizga arziydigan bir qismlarini albatta o'zingiz nayt bir shodlik va hasratla asaydigan qismini bir o'rtoqlashsangiz. Qanday rahmat. Rahmat. Allah razı olsun. Ameliyatda bir mustamlik yaşayotgan bir milletning har qanday a'zosining har bir do'qmishda hayotini o'zgartirgan qismatlarining har bir daqiqalari bir kitobga sig'mag'idek darajada rivoyatlarga, murakkab hissiyotlarga to'lgan bo'ladi. Ham bir insonning hayotini qisman bir program bilan yo'qtirib bo'lish, tushuntirib bo'lish tez bo'ladi. Bu yerda O'sanjon qarindishimiz bundan tushuntirib o'tdi. Ben bir ixcham şekilde qarindoshlarımizga kimligim haqida bir ushur beray. Ben 74-yil tug'ilgan ekanman. Biz 4 bola bo'libdikanmiz. Qashqa paxt to'qimchilik tug'ilib, Bulaqbo'sh ko'chasida cho'ng'ilibdimi. O'rta maktabga chiqishi, ya'ni to'liq o'rtaga chiqishi o'qib, yaxshi o'qigan, to'liqsizdan ta'tib, 3 yaxshi o'quvchi bo'lib degandek. Hatta 10. o'rta maktab Qashqardagi eng past maktabdi. Kepsiz o'g'illigimiz shuni bo'lib o'tibdi ekan. Va da shu o'rganish boshiga 3 yil o'da o'rganish qilib o'qib, nima qilgan chog'da to'liq o'rtaga ko'chadigan chog'da Uyg'ur to'liq o'rtaga 6. o'rta maktab tanlangan. Ya'ni yaxshi o'qiganligimizdan. Birinchi mavsumda shunda yaxshi o'qidik, o'quvchiga mandavomamda deb o'lgilik o'quvchi bo'ldik. Shu yillik ittifoq yashash shujasininki boshliq bo'lib saylandik. Ikkinchi mavsumdan o'tgandan yog'i oliy maktabga birish plani bilan o'qiyotgan bir insonga oliy maktabdan qaytib kelib ish topolmayotgan insonlarning hikoyalari uchqashib boshladi. Bu menda bir jiddiy nima paydo qildi, o'zgarish paydo qilib, biz nimaga boramiz? O kadar ota-onalarimizni qarshitib, tijab o'qib, qo'lga keltirgan natijaning qanchalik bo'lishiga bakmay bizga ish yo'q ekan. Demak, o'qishning oyig'ida bizga bir natija chiqmaydi ekan deb shu yerdan bir o'qishdan so'yib ketib,
Mektep taşlab etsem, xonimlarim necha oygacha uyga kirib, mush bola o'qib qolsa bo'pti deydigan kechmishlarim esimga keldi. Hozir agar o'ylasam, agar kunlarning birida men bugünkidek bir hayot yashaydigan yoki bir g'amda yashaydigan, bugungi g'amni ko'taradigan bir inson bo'lgan bo'lsam, shu chog'da butumcha chanilib ketsam, o'qishimni davomlashtirsam bo'pti ekan deb ba'zi lavlarimni tishlab qolgan chog'larim bo'lgan. Endi men biz 4 bola ekanmiz, bolaning cho'ngisi, dadam bilan mening oramda yana bir dod ekan. Menga hayotimga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan narsalarning birisi. Yani çoğun dadını dadam deb çoğun olduk hesapta kişilerin nazarında. Ben çoğun dadamını görüp bakmagan. Anamның deb bir şey, anamma küçük vaxtında garip yani yetim çoğun olganken. Bizden aile bir addi bir aile yani bir işlep çıkarış bilen şug'ullangan, müstakil yaşap. Bizden öyde bir aç kalgan günümüzünü bilmeyimiz. İttifak tok, kazan kaynayıp durdu ama bayamazdık biz. Bir çoğunluk iş kıldı desek, kispan uyup aladigan bir narsamiz yok. Nurgun qatam tirishchanliklarimiz bizning mag'lubiyatla ahirlashib, maktabni tashlab etgandan keyingi hayotimda men nurgun ishlarni qildim. Maktabda o'qitibman, mening bakat olmaydigan bir ishim bo'lganda, bakat olsam, lampu yavtib, lampochilik o'rganib qo'ydigan, doğuşchilik o'rganib qo'ygan. Ko'zim ko'rgan narsaga havas qiladigan bir nimam bor. Şunun için köp qırlıq, köp narsalardan qılalaydigan bo'lib qoldim da. Bu menga bir narsaga esitib turib, şunun peşinde uzman, mutaxassis bo'lgan fursatlarni nisbatan tanlagan bo'lsam hayotimda. Men uni ching tutishni bilmayapman, chunki shu isbitilgan chog'dagi köp qirliqlik menga xuddi men buni nimaga o'xshayman desa, mektep okuyan vaxtlarımızda maymunun tağdan düşüşü dep, bunun eslep hemen neresi yok tak korkucu ketken maymunun eslep kalan gayda. Yani benim en açılışlık okuşu alakadar, meyli penli okuş olsun, meyli dini okuş olsun. Yanımdan türüp bir kanç katam himmet kıga vaxtımda abiyetin dep ötep ketkendek balının oğalının çoğun okup kalışı sebebiyeti beyden ailenin yüke. İkincisi, dadı bilen balının otursun yaş çoğunluq ketkendekin ikisinin arasında bir hang şekillengen. O hang şunda bir hang ki ben hatta tasavvur kılıp bazen tenim şürkünüdü. 91. yıllarda ben şu 16 yaş, 17 yaş vaxtlarım diken biz oynayıp yürgen çağlarımız. Etkanın aldığı şu kadar toşep ketkendi de ama şu Kazakistan, Kırgızistan'dan şehirlere içilip gidip şu yerden mal töküm olup ketken çağıldı. Neymiş şula atkanı? Dadam şuna dedi. Balam toktap duran ne varsa büyüken oynamay, ben bilen birle talağa çıkıp oynayıp jirle. Neymiş şula atkanı? Menin kallam tutanmavatı da. Ben bilenmevatı men degen. Ve birle oynayıp işkilerden bağışıdı gül kögendek yenip jirip heyran kılıqlar, bir hikayelerini esleşken edik. Ama dedem öz vaxtıda 80'li yıllara Şanghay'da geçirip ticaret qilib bakkan, özü olmasa işçi olsun, Sonsen Slogansı dep koyduğun işlep çıkarış vasıta şirketleri. Kadir süspet yaşayan adam olsun, ilmi adamdı. Lekin ticaretini qilib bakkan, ahırda şu hang şekillenip, bulunatkan vaziyetini idare qilish, kontrol qilish, kelgisi üçün balalarını qaysi yoluna yönlendirişdek meselelerge ciddi ve aqılarını bir tallaş bilen bizge yol köz beremeptiken. Yani biz benlaştık kılıp tapqa yolumuzda yolla bizni jık ılgap taşlaptı. Mesela hayatımda en nimqıllığa yerim, mesela ticaretten çaşlap kettik bir kıtım. Bizlige yardım kıldıgan, okuyuşlara yardım kıldıgan hacim, bayacımdın birisi bir kıtım bir malının ticaretini bana vasıt kıldı da. Siz maaşını falan için tonuydik yalan, maaşını bildi bağın bolsak. Maqladık, köreştik, mallarını pütüştürüp, yuğuşturup, yenip geldik. Yolda kağıç dedi ki, özü yardım kılıvatkan okuyucular bu malını alay degen çağda bunun meselesi olganken, ya o adamdan bil yaxşı emas dep, ondan soydurup etkenken. Hem soydurup kelip, özü bir vasıta izleş, epsiz kelip, men izdegenken de. Ben o işkisini öpleştirip qilib qo'ygandan keyin o'shalar yaxshi bo'ldi deb baliq adam shu gapni deb kelyapti. O adam bilan ikkalanib aytgansa butun dunyo xalqi o adamga guvohlik berdi, meni eshitdi demda. Endi
bizlar iymonni o'rgandik, islomni qaytadan bir qitim format qilib tashlab, Allohni inkor qilgan qisqa bir zamonlarimiz bo'ldi. Qaytadan islomning haqiqatini tutunganni yog'i bayatında gibi bo'lib o'tib ketgan rahmetlik Abdülhamid Damallamning kitoblari va undan boshqa tarjima kitoblardan kelgan yangi islomning asli mohiyatini tushungandan keyin xuddi kompyuterga format qilib tashlab yangidan Windows yüklagandek dinni qaytadan yüklab, qaytadan yangi bir odam bo'ldik. Yani mening hayotim bir xil nima deyman, taki iman bilan uçqaşqandan keyin undan insonlikning nima ekanligini, qo'rqinchining insonni haqiqiy nimadan qo'rqish kerakligini, nimadan qo'rqmaydigan, ya'ni yurak paydo bo'ldi. Shuning bilan boshqacha bir hayot shakllangan menda. Ikki qatim turmuga kirib qoldik. Kichikimizdan tortib she'r yozadigan bir ishlarim bor mening. Kichik bal vaqtlarimdan tortib she'r yozatdim. Keyin dadamdan bir o'rgangan bir duttavati qozoqcha sesib qolgan dutta ekan. Chiqib uni bir qo'lda o'tirib o'rganayman dedim. Vaqt dedi o'rgatib qo'ydi, o'zi bir 4 payt biladi. Shu 93-93 nimalarda dutta o'rgandik. Bir 4 payt o'rganmay bir payt ijod qilgan boshladim. Ajdan qilib yurib 95'ten tortib Qashqar shahar ichida musulmon qarindoshlarimizning to'y to'ykunlarida islomiy naqsh o'qib yurib qildik. Maxfiy shaklda. Ama onun ayığı çıkıp ahirde ikki qatim turma kirgan bo'ldik. Ilgari ahiri 97-2001. Gapim biraz bölünüp ketdi, har xil shaklda chiqdi. Men ifodalab berolmagan bo'lsam mumkin. Asos xuloslab aytsak 2005-yilgacha vatanda bo'ldim. Qilmagan ish qilmagan bo'ldi. Mening faqat ish tanlash prinsipimda halol bo'lsa, to'g'ri durust bo'lsa, eg'ir yengil demay ish qilatdim bo'linib tortib. Anadaki hayatning nimisini ijodlikdan topatdim. Eng eg'ir ko'rgan kunlarimda kitob o'qish, anadaki ijodiyat, ya'ni she'r yozishlar bilan ishimdagi dardni olatdim. 2005-yilgacha men 98-yilda turmadan chiqqandan keyin Xitoyning haqiqiy mohiyatini tushungandan keyin men chet elga chiqish kerak ekan, bizni bo'lib yashatmaydigan deb shu chog'da savdo tushdi. Ammo u chog'da vatan sirtida Aqtağlıq, Qartağlıq olub bizning vatanning mujohidlari bilan inqilobchilar orasida jidal majra bo'lib ketganligini tag'imiz biladi ekan, bizni bu gaplardan ushqashdimi, mana ina aldirmay turibsiz. Men bejerib bermay dejurib 7-8 yil keyin ta'tilib ketdi. Allah to'y qildik, 2 balam bo'ldi. Ammo 2000 yil yana qayta tekrar turma kirib chiqqandan keyin qat'iy iroda keldik, bo'lmadi dedik. Bir tarafdan ishlayapmiz, medikaldir, nima ish bo'lsa. Bir tarafdan ayakta chiqdim, imzo atilgan ishlar kunlarni kechirdik. Hatto ba'zan akşam uxlasak, mening uyimning keyingi tomdan, ya'ni keyindagi tom, u yon tarafdagi yo'lga qarag'liq bir uyning, ya'ni keyini tutashgan mahallada uy. U yon tarafida nima bor edi, vaqtlik payso bor. Akşamları ajında yatqa yerimden taat qilgan bir ovoz bor, sat shu mashinaniki. Ajda ovozni olsam, cho'chib o'g'inib ketadigan bo'lib ketgan. Axiri shu Allohga tavakkul qildik. Axir 2005-yili nəhayət bir tepilmaydigan bir fursat bo'ldi. Shu Karachidagi yarmanka munosabati bilan Qashqar bütün tijoratchilarga yalvarib yurib Xitoylar pasport beceri beriş ve başka türlü baş götürüş qatorliq nimalar bilan bir imtiyoz berdi. Shu chog'da bir pul g'uzolay yurib bir pasportni 18 kunda aldık. 20-kuni men qochib ketgan bo'ldim hisobda. Pokistonda 3 oy, andan keyin Saudiyada bir ishga haj miqdori tutdik. Andan keyin Turkiyada 1,5 yil. Ondan keyin 2008-yilning oxiri Nişatda Gollandiyaga desert tutmuşa kelgan yerga turib qoldik. Mana ketimiz vatanga, ayni ketimizda sizlarga o'xshash uchib yurdik. Mening ketim taqtiq bo'lib ketdi. Agar munosabat yeri badab qaragan qandoshlar bo'lsa, savollarda yili so'rasa javob beray. Bo'ldi, rahmat. Men hozir bir qisqacha bir nima qilay. Bir ikki bir savolim bor sizga, Ahmadjon. Xo'sh. Yana qisqa javob beramiz.
Keçirsizmi vaqt nurg'un savollarimiz bor. Men haliyama qatın vaqtim var. Yana birisi bu siz uyning cho'ngi dedingiz. Bu psixologiyada bu bu bolalarninki tug'ilish tartibini qarab turib, ularninki psixik alayliklar to'g'risida ajoyib cho'ng tadqiqotlar borchu. Bu uyning cho'ngi bo'lish bir odamda, bo'lib bir bolada masalan g'oyat zo'r bir ikkinchi otaliq besim, majburiyatdan kelayotgan besim bu. Na cho'ng bir narsa butun uy beshi kelayotgandek bir his qiladi. Siz hali ham siz mana mushkil oilangizda tug'ilishdan keyin psixologik nimaga asoslangan vaqtda tunji o'g'il bo'lishdan kelib chiqqan mas'uliyat tuyg'usini taki qilayotgan ishlaringizda mayli oshkor bo'lsin, yoshirin bo'lsin, ta'sir ko'rsatmoqni deb qaramsiz. Bana izchil ta'sir ko'rsatdi bu. Bu men misalən o'qish mening hayotimda eng ko'p intilgan bir nuqtam. Ama her o'qishim mening yordamchisiz yoki qo'llashsiz qoldi. Hatta keyingi kunlarda ba'zan qarindoshlarim chiqishga vaqtimda silni burun chiqib qolgan bo'lsam, o'g'illab ishkitib, butun chiqimdan ko'tarib, men o'qitdi ekanman deganlar bo'lgan. Chunki men ochiq bo'lganlik uchun ko'proq tafakkur qilardim men. Alayidlikim shart bo'lishi mumkin. Dadam bilan mening nimamningki yeshimning o'tirishidagi farqning ko'pligi cho'ng bo'lganligini mening hayotimda bakchiq narsalarni his qilgan. Agar buni yezish to'g'ri kelsa, bakchiq narsa yezish mumkin, ammo bir kupletni dadam hayot vaqtida bir she'r yozgan, bir kupletni deb bersam, aramizda sen bilan bizning shoti desak bir vaqtni kam. Men agar shu she'rni deb qo'ygan bo'lsam, butun o'qiyakan, ya'ni bir shoti desak, bir vaqtni kam shoti bo'ldi. Ikkimizning orasida bir vaqtni kam bo'ldi deb boshlagan bir parcha she'r bor. Yani ben bunun nimamni taqdirimga munosabatli bo'lgan taraflarni bakchiq deb o'ylayman. Agar munosabatli jihatda tadqiqot qilgan insonlar bo'lsa, butun detallarni anlatib berishni xohlayman. Bu nimachu ko'p hollarda shu hamda bu yana shu psixolog ketib qoldik. Aslida bu maqsad emas degan, ammo hikoyangiz qiziqib qoldim. Chunki o'g'il bolaninki dadasidan bo'lgan munosabati mohiyati uning xarakterininki qanday bo'lishiga g'oyat zo'r, bek cho'nqur o'zi his qayg'usi darajada ta'sir qiladi-chu. Shu abaq o'qishingiz ajoyib bo'ldi. She'ringiz ag'anchu, ya'ni shotininki bir vaqtingiz yo'q. Bo'lgan vaqtida egizlab o'tirib farq emas cho'nglab ketgan vaqtida chiqmoq bek tez tushadi-chu. Tushmak oson bo'lishi mumkin, chiqmoq bek demak bek cho'ng bek eg'ir bir orliqning bog'liqidan hissiyat jihatga orliq deb qarayman buningga. Siz qarasangiz ehtimol dadangizga muhabbatingiz bor, talpinib tursiz, shundoq talpingan vaqtingizda bir orliqni his qilasiz. Anda bo'lgan vaqtda bu keyin hayotingizda ba'zi ishlarda o'zingizning yo'lanchiga bordekma dunyoda. Bir qarasangiz bordek, bir qarasangiz o'zingiz yolg'izdek, ya ustiga chiqolmaydigan, ya ostiga tushamaydigan bir xil qaymoqishib qolgandek bo'lishi mumkin. Buni men azroq his qilgan. Sizdan azroq his qilgan. Buni men cho'nqurlab kirmay, bu normallik. Albatta bir odamdan mening bundan narsalarim, tajribalarim ko'p bo'lgan, dadam bilan bo'lgan mening munosabatim murakkab bo'lgan. Ammo bu narsa o'zimizga faqatla angliq shaklda analiz qilsak, o'zimizning oilaviy turmushimizni, o'zimizningki xarakterini, psixikani tushunishga bek roli bo'ladi. Oxirsida Ahmadjon samimiy mushkapni deb bergan ko'p rahmat. Hamda birinchi savolni jig'ayman. Ikkinchilikni nihoyatda tafsiliy va samimiy, o'zingni bir xil o'zingni ichidan baqqan shaklda so'zlaganliging ko'p rahmat. Mening kimda ikkinchilik qiziqqan yerim, birisi ikkinchilik adabiyotda o'qiganlik bir tarixing bor ekan. Anadan keyin ikkinchisida har ikkinlar bir narsani tutsanglar, herkes qo'yib bermaydigan, yanmaydigan, ya mas'uliyat tuyg'usidan, mayli xarakterindagi turgullik, yanmaslik denmo kan mayli siz Hüseyin tecellis mayli siz da'vatchik bo'lsin, mayli Ahmadjon o'zining hayotining eng ochiq, eng qarang'u, eng ichinchi vaqtlarida bo'lsin, bir nurdan, bir yo'riqlikdan, bir haqiqatni izlashdan yanma shunday kelganlikdan. Bu menga nima uchun sizlarningki 3 yil yoki 4 yil mobaynida mana shu mustaqil shu programmani boshqarish kelish jarayonida hatto siz yolg'iz qolsanglarmi, iqtisodiyotdan qizlansanglarmi, yar yo'laksiz qolsanglarmi, tushunan boshqa tarafdan xato tushunilsanglarmi, yana bu ishni tashlamay mengayotganligingni menga bunda so'zlab berdi. Agar ma'qul xarakter bo'lmasa, sizning maoshni manda qila olishinglar bek tezga tushadi. Xo'sh. Endi mening yana bir savolim, ikkinchi savolim, bak qisqa 2-3 minutlik javob beringlar bunga. Vaqtini deb qo'ymsam bo'lmaydi.
endi o'zingizning ta hozirgacha boshqalarga faqat bildirmagan siringizdan, mayli planinglar bo'lsin, kechmishinglar bo'lsin, alaydikinlar bo'lsin, nimalar bo'lsin, shunday faqat bir yaxshi xabar bo'lsin, nima ko'ngilsiz bir xabar bo'lsin yoki bir holat bo'lsin hayotinglardagi mush uch siringlarni biz bilan ham bahrlashni xohlamsizlar. Xohlasanglar qaysi uch kechmish bu yoki plan bu yoki tajriba bu? Yani gapini Hüseyincan'a bereyim. Hüseyincan. Qani. Avaz çıkmadı. Avaz Mikrofonu çıkmadı. itip koyar şöyle. Mikrofonu etip koydum. Hem yakıslı. Alaylık meselesi hem de abayım şu davetçilik dep gap atılıp kaldı. Emniyette meninki üzüp çıkan sahemninki biraz asaslıkı bu. Meyli şiir iziş, meyli makal iziş bu olsun. Onu normal koşumçilik mağdur. Hem de alaylık hiç kimi dep bakmak mı desek hem de hazırgaç ben ortak bir şekilde dep bakmagan alaylıkımdan bir işkisi var hem de. Kağınla asasen halkımız biliş mümkün, kırındaşımız biliş mümkün. Onun için sizin sualları hiç kimi dep bakmagan boğanlık için. Herhalde onda bir sırrım asasen yok ama köp kişiler bilmeydiğin sırrının bir işkisi var. Mesela ben Nakşit alayım. Toyda Nakşi mi yitkan, toylarda Nakşi yitkan. Ve meninki bir tarihimde Qashqarda bir nim boğan, şu muqam ansamblığa adam qabul qilish haqsiz. İmtihanı teşkillenip şu zaman küçük vaktimizde. Neçe yaş vaktimde kısal yadımda yok. Şu vakti dadamı ben meselesini ben muqamçı bolayım ama küçükümden ilqi bir nesini taklit qilib ögünüp aldığım kuyum boğanlıqım için. Bu ile Kur'an'dan kelgen bir nesi. Kur'an kıraatlarını taklit qilib küçükümüzden okup. Egen vaxtida meyli dedi ama keyin oturup sen bu bir taraftan Kur'an okup, bir taraftan muqam okup bu ikisi taza anavula balam dep adam şu vaxtida Aştaq bir çıkelen mesleğet kılışkan ama ben nimge bağmadım, muqam ansamblığa. İntihamıga kirmedim, kirgen bolsam ötep ketişim mümkündü. Nakşit alayım yani 1995, 94, 95'lerde bir qanç toylarda şu deniz bilen elektronluk rüyalı bilen Nakşi etkan. O bir alaydık. Hazır mı alayım ama bugün hiç qanday alaydı nimem yok. Nimo bu mesela bu Uygurlar mesela hoşal olsak en hasret çeksek Nakşiyetimiz müşne yalğız qalgan vaqtlarınızda işçinizden bir hasret kelgan vaqtida avazınızı koyup ötüp Nakşiyet qanыңızın kelemdi bazı çağda. Ben jig okuyman. Ha. Maşinada ketip atkan vaqtlarda avazımni koyup ötüp hallayımını to'lab ketaveramiz. En yaxshi ko'rib turgan naqshingiz hallaylimmi yo boshqa? Sizlar bir yomon muxbir keldi ya. Sizlar chiqishtir kerak ekan to'q bu. Yo'q, men ham chiqarganlar qo'yalarim ba. Hammamiz bir narsa chiqolmasa yetisizlar, ha. Ya xalq naqshlarini qilishib qo'yamiz asli. Millatda bo'ylab Qur'on qiroat qilguncha men ham Qur'on sohasida men şu Jingju maktab turgan vaqtimda mamlakat bo'yicha ikkinchi darajalik Qur'on o'qish nimasiga erishganman chu. Qiroat qilishdimi? Qiroat qilishda bor uniki. Yani şu vaqtda tunganlarning soni bilan kirib qatnashib qolgan u o'lkalik qiroat musobaqasiga. Bu ham da şu 20 necha o'lkadan taklif qilingan nimalar. Ilaqi qiroat qilganligim uchun undan keyin bir mezgil men şu ahli tasavvufda yurgan Qashqarda. Yani sopalarninki bu hükmet okuş nimesilimi bir mezgil okugandim. Onun için bu avazga nispeten mening bir ciddi nimem var, qiziqishim var. Meyli ilahi okuy, meyli hükmet okuy, meyli Kur'an okuy. Onun için nakşımı okup koydukanda. Qilishib qo'yamiz yani resmi nakşideki ama bir nakşini ekilip tekstini aldığımda ekilip mani küçük meşq qilib şu nakşideki okup beraman desler okup berayım yani. Avazım hoş. Bu yana bir sorunlardı Xudoyim bir ovozingizda bir naqshin bir anglığımız var ama inşallah bazı nim qiladi ama ilkollan dedik ki qarindoshlar bana topshirdi hamda bir jamoatning yig'ilishlarida bir nim Qur'onning qiroatini qilgach naqshin ama albatta bu sizningki tanlashingiz nimasiga bog'liq. Ikkinchisi Hüseyin efendim. İkincisi ben kichikimdan shaxmat o'ynab cho'ng bo'lgan. Men endi o'zimni usta shaxmatchi demasam qanday odam bilan
şahmat oynay alayım. Şahmatda nima o'rgandingiz hayotda? Şahmatda pek köp narsa o'rgandim. Men şu 1900 Abay Ahmetcan deb o'tib ketsa, Sovet parchalanib, Sovetning meli vatanga kirgan vaqtida bizning Yan bozorda 2 yerda dukkanimiz bor edi. Yan bozorda dukkan ichish jarayonida qo'shnilarimning shahmat o'ynayotganligini ko'rib, shu yerda shular bilan shu dukkanni ichish jarayonida birga o'tirib kunni shahmat o'ynab, keyin buningga bir oshiq bo'lib qolib, shu dukkanni tashlab bag'ishning oldiga chiqib shahmat o'ynaydigan bo'lib qolib, odam bilan to'la urushib, shu masalan shu TRT'dagi Mirkamil Hajimninki dadisi Qashqardagi dangliq shahmatchilarning birisi edi. Shadimning keyini kelib endi o'tirib shahmat o'ynaydi. Qashqar bog'chining oldida bir shahmat o'ynaydigan bir yer bor. Kichik bir Seynabodda, esimda uni ko'rganman. Shu Seynada qator cho'ng odamlar o'ynaydi ko'pincha vaqtida. Ammo biz kichiklarimiz kelib qo'rqiga kirib olib, "Ani ma'amsan, ma'am turamsan" deyishib, ba'zi tilishib, ba'zi tayoq yeb o'shada shahmat o'ynashni o'rganganman. Hozirgacha davomlashtirib kelyapman. Men misal bir kitap o'rgandim yani. Men kichik vaqtimda, kichik vaqtim deyman, o'qiyotgan vaqtimizda, yo'q, kichik vaqtim ekan, kichik vaqtimda biz Qashqarga borgan vaqtimizda bir qatam men shu shahmat boyaga beribdiman. Bizning bir tuqqanning bolasidan chiqqan. Shu yerda men o'zimdan cho'ng bir odam bilan shahmat o'ynayman deb hisoblayman-da. Endi Qashqarda menda gapni qilsa, yama ses gap qildi. Uni men bilmayman, Qashqarda qancha ses gap anglash mumkinligini bilmayman. Hela qadamdan gap hargiz esimda chiqib, u odam degan, "Men qaytsa, silma tutayotgan narsaning nima ekanligini bilamlar" degan men. Ha, ilib o'ziga asos gap bilan javob qaytarganda, men hargiz esimda chiqmaydi. Ammo shunda desam, tutgan shahmatni o'ynagan menmi? Xo'sh, gapim qaytib keladi. Ahmadjon. Siznikilar 3 tajriba yoki boshqa? Üçüncüsünü keyin gap beraymi? Devitamon davası, Devitamon Ahmetcan'ın yüzüne. Üçüncüsü, ben her qandaq bir narsaninki yani bugünkü dünyada real bo'layotgan, yani çoqsidan kopiya ilib, taqlid ilib, vay başda kelib Qur'ondan taqlid olganga o'xshaydi. Qur'on taqlid ilish bilan bo'ldi. Dunyoda Qur'on ustozi bo'lmaydi qiroatning uchun. Qur'on ustozlari faqat tajvid bilan bo'ladi. Qiraat çokum taqlid bilan bo'ladi. Hech bir inson o'zining qiroatini shogirdiga o'rgatmaydi. Faqat tajvidini o'rgatadi. Buningdan kelib chiqqan bir narsa bo'lishi mumkin. Taqlid ilib, uni pishiqlab ishlab o'tirib etadigan bir nimam bor. Alayidlikim bor. Masalan, bir alayidlik o'tganda men sizga bir gapni dedim. Shu Facebookda naq maydon qilishni mendan burun kim qildi bilmayman, ammo Uyg'ur tarixida, yani Uyg'ur chet el tarixida tunji qitim men yani o'sha Ikironda sahna qurashtirib canlı yayın türkçesi naq maydon programma ilib bordim. Tunji qitim. Yani bu mu mening ijodiyatimning birisi hisob. Bu yerda siz birasdan bir iliq sen tunji qitim qilding buni, sen yaxshi qilding yoki manda qilding deb bir iliq e'tirof qilish va sizni loyiqida maqtashga erishib baqdingizmi? Men buni tunji qitim nim qilgan vaqtida shu Facebookning 2 kishilik naq maydon qilg'ili bo'ldi. 2. Buni qildim. Tunji qitim hech qanday sahna yo'q, menda kirishtirilgan nima yo'q. Bundan keyin nima uchun bu yak sahna yasay olmaymiz deb sahna yasashga tirishib buni men qilolmay, Germaniyada bir qirindishimiz bordi, video montaj qildigan. Undan maslahat so'radim, u menda qilsak bo'lamdiki deb maslahat berdi. Ammo men bir kuni shu o'yin o'ynayotganlarning sahnasidan ilhomlanib, Twitch deydi. Twitchda o'yin o'ynaydi hozir. Internetda o'yin o'ynab pul topadigan yoki xalqaro birlashgan o'yinchilar bor. Miltiq atadigan, qurol atadigan har xil deganda. Ularning o'zini chiqarib qo'yib turib, keyingi sahna chiqayotganini ko'rib, unda bo'lsa, miyaga o'zimni chiqarib qo'yib turib, keyingi sahna chiqarsak bo'ldi ekan deb, undan ilhomlanib, o sahnani men o'zim yasab chiqdim. Yasab chiqqandan keyin buningga qo'llashlar bo'ldi, maqtashlar bo'ldi, ammo shu naq maydon qilgandan keyin bir qancha bizning Sharq Turkistonning mashhur medialardan mana bir cheklash keldi. Ular telefon qilib, buni ish qilyapsiz, biz miyat xabarni qilib qo'yish ayamsiz, naq maydonga chiqib. Chunki naq maydonchilik yo'q deb Uyg'ur chet el mediachilar.
YouTube'da batı chet elliklar qilayotgan naq maydonni. Uyg'urlarning ichida YouTube naq maydoni yo'q diye. Undan keyin bir qancha media o'rinlarining nimasiga uchiqdim, besimiga uchiqdim, ammo shaxslar asos jihatdan qo'lladi. Yani. Endi bu iliqi biz elik deyishgan gap, men oldinroq bir gap deb qo'yim Ahmadjon burilishdan ilgari. Amaliyotda sizlarninki mustaqil mediachilikqa qadam besishinglar va buningda turli qiyinchiliklar uchrashishinglarninki bir sabablarining meni tushunishimda nima degan vaqtda sizlarga bizdagi alliburun cheklangan va ishga kirishtirilgan ba'zi bir medialarninki ba'zi jihatdagi yetishsizliklarini, fikr qilishdagi qatmanliklarini va o'zaro odamlarni o'zi yaxshi ko'radigan yoki o'zini qo'llaydigan yoki o'zi atrofdagi odamni qilishdan iborat mahildagi birodarchilik kulturini buzib tashlabsizlar, o'zinglarcha mustaqil, erkin va ichitilgan bir xil media muhitini yaratishdimi her şıkkınlarınki töküsü intayin zor. Hiç olmasa medianı köp kıllaştırdınlar. Ma'lum bir ideyaninki yoki ma'lum bir türküm grupidagi odamlarninki monopolluqdan qutuldirib chiqib, köp xil ovozlar so'zlaydigan, köp xil ideyalar uchrashadigan bir xil munbarga aylan. Bu jihatda elib etgan vaqtida men mush vaqtning o'zida har shikkinlar rahmat aytaman. Agar bu shikkinlarninki bu xildagi igilik yaratish, yangi igilik yaratmadinglar, yangilik yaratish ro'yinglar bo'lmagan bo'lsa, albatta biz bir xil ovozni anglagan bo'ldik. Çoğun cihat elip etken vaqtda fikir cihatte köp xillik yok, bir xillik, dogmalık teqdim eğilaşkan vaqtida bir xil besimdarlık. Mening gapimni anglaysa, hem men degan gap bo'yicha bo'ladi bu ishlar degan narsa buzib, yo'q bu yerda boshqa ovozlarni anglayli degan bir narsa barliq keldi dedinglar. Buning uchun rahmat aytaman. Shaxsan o'zim nomimdan. Bir gap qo'yaymi shu mediachilikda birinchi emas. Media batı Uyg'ur medyasi yani medyası demedim. Erkin mustaqil mediachilikda yangilik yaratishda ba'zi narsalar ko'p qatlamdagi, ko'p sohadagi odamlarni bir yerga ekilishda, mayli ular qaysi xil siyosiy, ijtimoiy, diniy boshqa qarashli bo'lsin, faqat ashtaq bir so'rni hozirlab berishda sizlar texnikami ichitilgan bir xil muhitni yaratdinglar. Men buni da'vat etaman. Xo'sh, Ahmadjon. Ben maqsam açıq keldiga Hüseyin. Çaq. Ahmadjon, sizniki 3. Bunu ne deb tushunamiz? Arzu deb tushunamdi. Arzu bo'lsin, bo'ladi, boshqalar bilmaydigan tajribangiz, keçmişiniz, planınız yoki ma'lum jihat sizniki shaxsiy bir qiziqishingiz. Men şu bayatni yana deb ketib, dadamdan tilga oldik. Bu psixikani men burun psixikalik darsmi olib boqmadim, davolanishni ko'rib boqmadim. Ammo eng qiziqilgan temamning birisi edi. Nima uchun shunday bo'lganlik to'g'risida. Amaliyotda men hayotning mohiyatini ijodiyatda deb qaradim. Haqiqatan eng ma'no topgan vaqtlarim ijodiyat bo'ldi. Lekin bir masala yuraksizlik bo'lishi mumkin. Ya'ni g'alaba qilishdan qo'rqish kesili deb o'qidim bir yerda. Balkim mushunga dal tushundim bilmayman, uni rasmiy nima qilmadim. Masalan 95-yili 95-yillardan boshlab men ijod qilgan islomiy naqshlar ba'zan qarindoshlarningki unalg'ilariga olib qo'ya yurib saqlab olgan naqshlarni hozir anglasam men u chaqdagi jo'shqin hissiyatni hozir topolmayman. Men ilgari keyin olib 100dan jiqroq naqsh yozdim. Ahangni, she'rni, ba'zan she'rlarni boshqalarning she'rlariga, ba'zilarini o'zimning tekstini o'zim yozib, mushuni hayotimni bir chiqarib etsam bo'ldi dedim. Hatto chet elga chiqib ketishimdimi o. Men 3 ochmoqning oldiga kelib qolib, bir tarafida turma, bir tarafida o'lim, yana bir tarafida qichish, yana hijrat. Bu 3 to'qmosh kelgandan keyin qattiq o'ylandim. Kichik bola agar dadang nerede dese turmada dese 5 tushib ketib turib deydi, turmada deydi. O'lib ketdi desam bo'yni qisiq, o'lib ketib ekan dadam deydi. Agar men chet elga chiqib, chet elda bir mashina tozaydigan odam bo'lsammi, deysam-da, nima ish qilsam qilay? Dadam chet elda degan so'zni bir xil faxrlanib turib deyaladi, ro'yi oziq beraladi degan narsalar menga bu tarafdagi ishik biroz nima ko'randi, maqbul ko'raldi. Shuning bilan men chet elga chiqib ketishimdagi omillardan biriga nimaga tayinib chiqib ketsa desa,
Moş hazır kadar men moş ijadiyatda vatan halkımızın ağızdan hiç birisinden daha dini nakşı anlap bakmadım. Önde hükümetler bağlı sopa inşallah'ın aralarında. Lekin vada yanıcı uslupta bugünkü zamanın nimisi bilen okulgan dini nakşılarını anlap bakmadım da. Belki moş nakşılar sebep oluşu mümkün. Yani halkımızın gibi nimi şekilde bir yerde Xitayda neşet kıyıl bulmaydı. Dep moşumu mening chet elga chiqib ketishimda bir rol olgan endi. Lekin hozir qadar bu naqshlarni chiqarib olamadim. Ha bu yerdan dayatqan dadining arsidagi bir vaqtni kam qolganlikdan paydo bo'lgan ruhiyatdagi psixikadagi bir bo'shliqning hele ham qo'limizni havoga uzatib birisi meni tutib olgan bo'lsa ekan. Amaliyotda u aqalli jihatda xato emas. Masalan bugungi kunga qadar nurg'un çolpanlarını çolpan qilgan, aslında onun yanında bir çolpan qilguvchi bor. Sponsorluk olsun, tapılğanlığı olsun veya ki onun yol gösterdiğin olsun, mesela boksçunun treneri diyendek. Aşındak bir adamın kolunu tutup bana bir yol başlap qilishini ümit qilib günüm, yıllarım, hayatım ötep gitti. 46 kiritimen 17 yaşımda başlagan bolsam mı? Yani hazır kadar kalamadım. Bir qancha naqshlar o'qildi, ammo xalqlarimiz yaxshi turib angladi. Men shu arzumdan birsi shuni chiqarib olsam ekan. Mening Alloh bergan bir ne'mat. Shuni olsin bir shukronasini ado qilishning hisobida men shuni bir ado qilib olsam ekan deb arzu qilib kelib, shuning puchilishida jiq azoblanaman. Bu sirlarimdan. Men bir savol so'rayman shu yerda. Siz mush naqshlarni dadыңыздың аңлышыны үміт қыламысыз. Яғни мұш нақшыны тегіден халық мұ тұрып тұрсын матырапта сіздің нақшыны яқшы көрдіған сізніңке яқшы көрдіған әгеш күчілеріңіз әтті чоқын ғұчырыңыз тұрып тұрсын. Әң ақысы dadыңызға беғишлашыны вә dadыңыздыңке сізге сіздің бағырық бесіп тұрып сіздің мақтышыны sizge bir ilham verişini ümit kılamsınız. Jürgenize tегіден kirip тұрып деп bakın. Anam dadam işkileyle ben müşahedeki vaktimde tüyep gitti. Duadan başka yardım kılamayız. Ularning arzusida bo'lib qolsam, men ishtondan qarni bo'shitib etmaydigan kadri bo'lgan bo'lsam, onam dadam mendan bek rozi bo'ladi. Lekin men u yo'lni tanlamadim. Ben boshliq, menda bir isyonkorlik bo'lgan. Balki mana shu yana ota-onamniki ba'zan menga hammani ko'rsatib bermaydigan, ba'zan yeteklashda aciz qildigan nuqtasi, belki mening o'zim biznasini tishib o'tib, ben boshliq xarakter paydo qildigan bir xususiyatni bergan bo'lishi mumkin. Shuning uchunki hayotimning bosh chog'laridami xushomat yoki tama va yoki mushtaqliqdek nima deymiz? Bunda narsalardan qarlib bo'lsin, bukib bo'lsin, bir qanday qilib bo'lsin, o'tib olay, qilib olay, etib olay deyolmaydigan bir nima shakllanib qolgan ekan. Meningki mush gaplaringizdan ko'rganimda-chu, hamda bek inchkari kirib ketmayli, ro'yitingizniki. Uni ayrim ishimiz deysak bo'ladi. Men qiziqdim. Sizda ikki xil bir-biriga ta'sir bir ekkaga bo'lgan bir xil xarakterniki juplanish bor ekan. Birisida bir mandat desak, uyg'urcha desak, talbilik bor. Bir oshiqlik bilan nim qilgan, darvish ketib ketadigan, jahondan ko'tar deyiladigan bir xil mardonsimon bir xil nimelik bor. Yurak bor sizda. Yana birisi shu yurakning ichida bir yerda bir bo'shliq bor. Bir quruqlik bor. Bu g'alati bir birlashishda bu. Qo'rqmaslikning ichida bir qo'rqinish bor. Qo'rqishning ichida bir qo'rqmaslik bor. Har vaqt siz qancha qo'rqmay, oldingizga qancha manga vaqtingizdami, bir yak baga vaqtida aç bir qo'rqinish sizni vahimaga soladi, ansirtadi sizni. Bir bo'shliq g'uldab turgan bir bo'shliq bor yuragingizning ichida. Shunda. Bosh bolaligingizda nima qilgan? Balavoqlarim yana yanmaysiz, yana es qilib tursiz, yana yanmaysiz, yana bir yak qaga vaqtida bo'lsa, boshda es qilgan vaqtingizda ba'zida dargumonda qolasiz. To'g'ri qilyaptam dema, qilmatam dema deb. Bu nima aziq es qilgan sizdan? To'g'ri. Oba. Bu to'g'ri, hammamizning qalbimizning cho'nqurlarida o'zimizningki bir cho'nqur bo'lgan bir ojizligimiz yapmağımız. Hemimizde var bu acizlik. Türlü şekilde ifadalında bu.
Bu bugünkü sizinki ihtimal muş birden bir yoki eng tag, eng tövünideki acizlikdir o, yoki boshqadir. Men onu bilmayman hozircha. Ammo mana mushunda, bu insonning hayoti mana mushunda. Ammo yaxshi, sizning yaxshiringiz nima ekan desangiz, meningki ko'nglim tingan yer nima desa, siz biladigansiz qalbingizning cho'nqirlarida uvuldab turgan shu qora o'nkirsimon boshliqning borligini. Andaki onun bilan her vaqt o'zingizdan robro qo'yib turib munosabat ishlaydi ekansiz. Bu yer yaxshi ekan. Bu var. Yani ben hayatımda köpünçe tefekkür kılattım. Evvelden keyin boşluk tepiş meselelerde mesela müşahedeki dokmuşna mandak bir dükkan qilgan bo'lsa, ya mandak bir narsa qilgan bo'lsa, manga ekan degan bo'lsa, bir 2 yil qolmay ashna bo'lganligini hayotimizda ko'rdik. Ashunga o'xshab kelgan oldin bayqash xarakterda ba'zan tasavvurlarni qo'yman, ammo hozir siz deb bayqagan mushalqi kavokchilik bu biri. İkinciden ben nesabimni jiq surist qilib boqdim ota-onalarimdan. Hatta ba'zan fikrlar kallam kelgan chog'da millatning mushu g'ami masalalarda bek oldi rasmiy chiqib to'xtab ayang tura deb bo'sab mangab ish qilib boqish plani qilib boqqan bo'lsammi, ammo nasabimni topolmasligim. Anam bana deb bermedi. Sen cho'ng o'g'ilni deb beray dedi. Deb berishcha cho'ng dadimiz ayajga ketgan peti o'lib ketgan ekan. Yani izdirki yo'q. Yani dadam taraf faqat dadamdan deb bersa, dadamning dadisi yandumdan, Yanshaning yandum yestim bo'lar. Yanduma ha. Kalla paqalchaq setib, ballarını edigini seyir qilib shundan beqib, ayna o'tgan bir alasqan adam ekan. Yani onundan başka 3. ya 4. evlatlarını izlashdan men bekçik tirish baxtim topamadım. Mening bu bir tarafı benim bir destimiga yerimning birisi bu. İkinci bir tarafı meyli dindim bo'lsin, meyli pendim bo'lsin, resmi muntizim bir ta'lim terbiye olmaganligim uchun ba'zan masalalarda o'zimni salohiyatsiz deb qarab chekinima ichimga kirib ketaman. Lekin o'rtada bir boşluqni, bir qilmisi bo'lmaydigan, boshqalar jur'at qilmaydigan bir narsa bayqagan vaqtimda sinab boqishni, urinib boqishni istayman. Balkim bu g'alaba qilishdan qo'rqish degan narsani qayta izlanishga tegishli deb o'ylayman o'zimga nisbatan. Lekin millatning mushoqi nimaga ehtiyoji bo'lsa, avval men shuni qilsamkan degan narsa burundan tortib bor edi. Aysh masalan naqsh o'qishda olsun, mening qilgan bütün ishlarimni men o ishning ahli bo'lib, o kasbninki quli bo'lmadim. Hamma narsani men o'zimning orzu, armani, irodam va g'oyamga bo'ysundirib keldim. Onun uchun ba'zan zamonning shu sohaning insonlari tarafidan yoki sohalari tarafidan qabul qilinmadim. Çetede çıkıpma ziyaliler arasında molladek, mollaның arasında ziyalidek, ikili tarafı iştip mıyda keldi. İkisinin yakısını, ikisini tartıp ekip olanmay. Cinim en sıkılgan işlerden birisi bu oldu. Ben pek çeşilanız çık, nem kılıp ettim mi, sözlü ettim mi? Bo'ldi. Endi yaxshi nim qilishdik. Endi men yana bir savol kelay chiqqanlarga. Endi sizlarninki tutgan yo'lingiz o'zgacha edi, Abay. Mustaqil mediada oldingi nurg'unlagan ajr degan o'rnaklarni yaratgan va kelgusida bizning yana nurg'un ishlarimiz uchun kerak kelib o'sha o'zingizninki millatingizga xizmat qiladigan bir azmatlarsizlar. Mening yana bir savolim, mushu sizlarni mustaqil media jalb qilgan, sizlarni unga tartib to'tkizgan ve beşinliğe balay afetler, türlü şekilde kıyınçlıklar kelsin, yani muş yoldan taymay, mangızvatkan, işçiye kozgatlık kişiler demine. 2 minutla söz anla. Kıyla, Hüseyin, tecelli efendim. Avaz çıkmadı. Avaz. Ahmetcan sizden kelsin mi? Ben siz başlayalım mı? Sizler biraz ictimai xalq tilida ifodalar berib o'tdilar. Mush xalq yig'iz edebiyotini qo'ygan bo'lishi mumkin. Men biroz siyosiy, biroz nimarak ifodalar berib o'taman. Mushtaq davom qilamoq, ya men biroz sizlar meni, men sizni doğramay o'zbek ketayapsiz. O'zang bo'l degan ketmaydi. Tamam. Hech endiz yo'q, bugungi programning endizi yo'q. Endiz yo'q. Nati erkin paranlaşıyordunuz. Qani, merhamet. Amaliyotda abatdanqa so'zga bir yana qo'shib qo'yadigan nimam
Mesela Hüseyincan'ın biz kichikimizden tartib ben bilimim. Tağılır bilen birle adaş olap nima qiladi. Bizden bir qancha yaş kichik bo'ladi Hüseyincan. Men to'niga vaqtimdan tartib bek nima deylik tabliğda ve qiraat qilishda labzi issiq yiqimliq birisi edi. Shundan tartib hurmatimiz bor. Chet el chiqqandan keyin bu asosan hamkorlik bilan ishlarimiz yaxshi ketdi. Ügünüştü iş yerler cık ba. Ama hatalık dep qaraydigan yerlerimiz yine köp ba. Fakat bir yer kadar bo'lganligi uchun anglamaganligi uchun shuning bilan uzoqroq turish bizga muvofiq keldi ekan deb shu shaklda siz uzoqlab qoldik ham nimamiz ishqilib ketgan tarafi u yerda bo'lishi mumkin. Ondan keyin hammadan muhimi men bu mushu soha bo'lsin boshqa sohalar bo'lsin mening eng qiziq nima qildigan yerim mas'uliyat. Bu ishdan mas'uliyatidan qanday chiqish kerak? To'g'ri qilay deb xatolashib qolamdi men qandaq? Foyda berman deb ziyon qilib qo'yandim qandaq degan masalada ko'p o'ylanadigan nimamjiq. Nimada Hüseyinjonda bo'sab bangadigan ortiqchiligi bor. Nima bo'lsa deyiladigan tarafi bor. Bu tarafi uchun bu media sohasidagi mustaqil medianing naq maydon programmalarininki birinchiligini tatqizib qo'ygan desam bo'ldi. Yana deb qo'yay. İkincilikini sizlerle mutluyum. Hoş. Hoş. Men hem de bu cihette bekçik izdinim he. Men bu şu mening en dünyada en yaxshi ko'radigan narsam vaqt. Vaqtdan ilg'orroq bir narsani yaxshi ko'rib bakmaga o'xshayman. O'zim shunday qarasam. Sizning savollarga kelsak, şu dünyada 3 tane kuch var deb men mayli qayerda bo'lsam bu gapni deymandir. Hozir real dünyada. Birisi medya kuchi, medya teşviqat. Hozir dünyada insonlar ishlatayotgan eng chong kuch. İkincisi qurolliq kuch. Üçüncüsü iqtisod kuchi deb mushunga yig'inchoqlab olgandim o'zimcha. Bunda bo'lganlik uchun men bu 3 ishning qaysisini qila olayman deb o'zim buni dangsidim boshda. Hem tarixdan kelgan bir narsa o'zimda bo'lganlik uchun media davlat tashviqotda. Hem bu ishni qila oladi ekanman deb media kuchiga qila oladi ekanman. Qurolliq kuch yo'q ekan bizda. Ondan keyin iqtisodiy kuchim yo'q ekan, ammo media kuchini uyg'urcha shaklda siz mushtanlamay oltasizlar olta. Elimni qo'rqitib. Men nima o'ngshab qilyapman. Media kuchini nima qilsa qoldi ekan deb men shu vaqtda tanladim bu xizmatni uchun. Bo'lmasa men tabliq da'vat qilsam bo'laverdi. Da'vatchilik qilsam bo'ldi. Men mollalikdan muxbirlik tushgan edim yoki chiqqan edim desam bo'ladi. O'zimning da'vatini qilib o'tib ketsam bo'laverdi. Yoki o'zimning o'rnini qilib o'zim ishlab qilsam bo'laverdi, ammo da'vat tashviqot mushu bugungi dunyoning eng chong kuchlaridan birisi ekan. Mushuni tutay deb mediaga ko'chdim. Bu jarayonda avaysizlar degandek, boshqalar buning qarshi chiqdimi degan masalada nurg'unlar sizlar shu da'vatingni qilsam bo'lmamdi bu yerda muxbir bo'lib bekadin. Hammadan ustoz deydi meni burun. Hozir men hech kim ustoz demaydi, muxbir deydi. Ammo men shuni o'yladim-ki, bu millat uchun divanimi bo'laydi, bir xizmatkor bo'laydi, u farq etmaydi bizga. Nima bo'lsak bo'ladi, nimadan tushayli, o'zangidan tushayli deb hozirgacha shu media kuchining yuqorligini his qilganligim uchun buningga nisbatan o'zimga jiddiy bir qiziqish va ham yaxshi ko'raman o'zim. Hem birazcık bo'lmasa azıcık bir talantımız bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Buning uchun bugungacha bu xizmatni qilishga turtkilik rol o'ynayotgani. Albatta bizning xalqimiz bizga destek berdi, bermadi emas. Bir qancha qarindishimiz iqtisodiy destek berib ishxona ochdik, kamera oldik, kompyuter oldik. Allah razı bo'lsin, dualarga erishdik. Kishilar yaxshi ko'rdi. Ama hücummu keyingi zamanlarda Xitoyninki hücum başlashi bilan hücumga nihoyat qattiq bo'lib ketdi. Agar bizga qilingan hüjumni o'kilga aylantirib berib pilga yo otib bo'lsa o'ladim. Mayli oila jihatdan bo'lsin,
Hatta mesela bazı ayollarni ziyorat qilgan vaqtimizda, masalan, oddiy bir misol deyish to'g'ri kelsa, hatto oilamizga telefon qilib, ayolni ziyorat qildik ma deb shaxsiyatimizdan tortib kirdi millat. Balkim u bizning millatimizning ichidagi insonlar emasdi. Xitoyda deb o'ylab kelyapmiz, ammo hujummi bek ig'ir bo'ldi. Ba'zi yig'lab ketgan vaqtlarimiz bo'ldi. Ba'zida hey deb bo'ldilar deb qiydab bir qancha oy to'xtab qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. Ammo shu vatandagi videolarni, masalan, bo'lib vatandagi kichik bolalarning videolarini ko'rib qolsam, men chidayolmayman-ku. Chunki men shu 2000-yili Qashqardan ayrılgan vaqtimda nima bo'lgan? Meningki qizim 5 oylik qolgan, kichik qizim. Cho'ng qizim 4 yoshlik qolgan. Shu qolgancha keyin chet elga chiqdik. Men 9,5 yildan keyin bolalarimni ko'rdim. 9,5 yil ikki bolaninki ailemning nimasini tortdim. Ota-onamniki muhabbati oyada qoldi zaten. Ulardan zaten ko'rishamiz. Liqi Sharq Turkistondagi shu yetim qolgan bolalarni o'ylasam, yeslidagi ota-onalardan ayrilib o'tgan bolalarni o'ylasam, menga bu bir jur'at hosil qilib, bo'ldilarmi shu hujum chiqsaqmi davomli mangayli alg'a deb, Alloh rizosi uchun deb yana bitiribdim. Ammo bu Alloh rizosi uchun degan bilan ba'zi inson chidayolmaydi ekan-ku, ba'zi hujumlarga. Chunki bizni kofirga chiqargan bo'ldi, munofiq chiqargan, ili millatchi deydi, ili dinchi deydi, ili mujohid deydi, ili Aqchiko'k. Zodi ism qo'ymagan narsa qolmadi bizning millatning. Hujumga bek jiddiy uchqidik. Agar u hujumlar oldida to'xtab qolsak bo'ldi, ammo yana ba'zi qarindoshlarimizninki duosi bilan yana ancha-muncha telefon qildi, sabr qilinglar deb bizga tasalli berdi. Bu shaklda ketyapmiz endi. Inshaalloh oyoqqa chiqquncha davom qiladimiz xizmatimiz. Xo'sh. Xo'sh, sizningki bu savolga bo'lgan javobingiz? Xo'sh. Ahmadcha. Xo'sh, anlatamiz. Xo'sh, mush savolga sizni shu mush ishda zada chin tutib turayotgan mayli xo'shallik uchun, mayli ko'nglingiz g'ash bo'lsin, umidsizlikdan ko'nglingiz qolsin degandek. Yana mushuni yana sizni taydurmay mangizayotgan Ben ko'pincha narsalarni oddiy narsalarningki yeshimi bilan bog'lab turib mulohaza qilishni, yeyishni odat qilib ketdiman. Bolalarimningki kichik vaqtidan tortib bir ish qilsa, nima ish bunday qilganini, qonunchilik bilan nima qilganini buningga deb oddiy bir ishni yeb ichishlarda diqqat qilaman. Nima uchun shunday qilganda deb keyin qarasam, qilayotgan ishining bir natijasini ko'rganlik uchun davom qildi ekan. Ben aşını tapdım. Yani bundan qaraganda insan özünün qilayotgan ishining bir neticesini ko'rsa, onun da bir energiya paydo bo'ladi. Xo'sh, undaqda hozir mush ishga nisbatan qanday qaraysa desa, men hayotimda bek jiq ish o'zgartib baxtim. Ko'pincha kishilar menga bek jiq ish qildim, muqim bir ish tutamadi dedi. Ammo mush ishni tutdim. Balkim ben şununla köpünce özgürlüğün insanlarıma bek eyip koymayayım. Çünkü onun özgürlüğünü kesbinin kullanıp geçiş emez. Belki hayatın manasını izleş olsa, o adam o biznes almıştıqan bulmaydı. O adamın ademliği almışmaslam, onun kılatkan kesbi, şoğulunatkan meşgulatlarına özgerse, onun gıcık dəxlisi olmaydı dep xulasıldım. Çünkü insanın hayatı bek kısıkken, onda bo'lgandan qisqa hayotning texmi ko'p ma'noliq, texmi ko'p qimmatli narsalarga bergan vaqtida insonning odiq chiqadi ekan. Asli o'limning bir yo'li bo'lgan bo'lsa, butun hayotimiz bedeliga erisha oladigan. O yo'llar bilan bugungi biz ziyonni foydaga aylantira olgan bo'lsak, bu chog'da bek yaxshi bo'ladida. Lekin bizga hozir shu o jiq narsalardan mahrum qolgan bir yo'l ahvolda bizga en köp energiyamizning barini chiqarib turib, achchig'imizning shu tishimizni chiqarib, ba energiyamizdan qila oladigan eng yuqori chekdi bir narsa qilish bizning bugungi dushmandan intiqom olishimizning bir vositasi ekan degan qanoati bo'lganligim uchun shu qilayotgan ishga nisbatan biri xalqimizningki
ehtiyoj borligi aldi bilan. Ikkinchidan o'zimiz bu ishni yaxshi qila oldim deb qaraganligimdan. Uchinchidan nima deymiz? Ben başka bir narsani izlamadim. Bo'lib unum masalasida bugun bir kitob bo'lsin, yoki bo'lmasa bir radio bo'lsin, hammasini yig'ib aytsa, ko'rintulik narsalarning ta'siriga yetmaydiganligi reallik ham. Ashda bo'lganligi uchun ko'rinishlik ekranlik narsalarningki qiymati uzun va ta'siri chunqur bo'ladigan ekan deb tushunib, ashularni o'zgartirdik. Hem de açık bedellerini beryapmiz, lekin bundan men bir chiqib, bir yer chiqib, döner chanab, yoki bo'lmasa kirakesh qilib, topgan pulim bilan bir ikki odamni boqib o'tsammi, o'tishim mumkin. Ammo insonda bir bir kuyak bo'ladi, havas bo'ladi. Undan boshqa haliqi taxim yaxshi bir unum yaratish uchun izlanishlar bo'ladi. Men 2006-yildan boshladim shu chet eldagi shu tashviqot masalasini. Saudiya Arabistan'daki vaxtında. Bir kompüterni qarzga $500 aldım. Hazır müşahede olsa 15-20 euro aldıgan kompüterden bizim $500 gelip aşiyadan başlap öğrengen tuttuk. Muşu sahada qılalaydiganligimizni ve muşu media sahasınınki bizning chet eldagi qarindoshlarımızdan birdan bir vatandakilarga bevosita foyda yetkazadigan saha ekanligini shu chog'da bayqagan. Lekin bu ishning ichiga kirgan sari ta'sirligini, texmi nurg'un narsalarga chetildiganligini his qilganligim uchun biz 5-chi cho'kirib baqdim. Odim tatib zig'icha mush bir ekranning maydonga kelish uchun qanchalik nima lozim bo'lsa shu sahani izlanib, hammani mejiqlab yurib o'rgandim. Chunki bir ayrim bir o'qitilgan maktab yo'q menda bu. Ya'ni 2006'da hisoblsakmi 15 yilga yaqin mushu yo'ldagi bir tarva. Kompüterler ne bilishayotgan shu ekran masalalari bilan videoluk, montajlık, audioluk ve yazma şeklindeki narsalar bilan bilishayotgan bir tarix var. 10 yil, 15 yil o'tgan. Bu hem de bir insonga nisbatan o kadar vaqtini berib endi tashlab etamsan degan yana bir jahillikni qo'shimcha berdi. Hem ben bayatni senjaman deb ketdi. Bir narsani Gepinizi tüytükten ben bir nefes sualım bak ketüte. Yani besim dedi, besim benim bundan burunmu besim ben burun torbet açkan. Şu 2010'lardan kin. 20 yildek torbet içip o torbetni taqaldı. Şu çağdan tatip mening bu sahada bana besim qilib baqqanlar foydalanmoqlikdi. Onda bana besim kelsa men faqat bilay tash qilam, aylantirib o'taman uni. Texme qarshiliqim boshlaydi. Xitoydanmi besim kelib baqqab, axiyri men uning ustidanmi g'olib keldi. Bizga nisbatan besimsiz qilish eng xatarlik deb o'yladim men o'zimga nisbatan. Senjan qanday o'ylaymi? Ya'ni bizga qarshilik qancha ko'p bo'lsa, biz shuncha ashaddiylashimiz. Mening xarakterim bu. Yani gibim bo'linib ketdim bilmayman. Cevap çıktı mı onu mu buldum? Doktorun nimiz ketip kaldı herhalde. Siz... Çöp kaldı değil mi? Alo? Sizin avazları var. Doktorununki ikranı ketip kaldı. Doktorun kaydedine kirip baksana. Bo'lmadi. Muhtaram qarindoshlar, biz samimiy gerimsiz paranlaşıyatımız, söhbetleşiyatımız tunji qitimliq bir ishimizdan chiqqanlar. Onun uchun to'g'ri tushuninglar, xato ketgan yerlar bo'lsa afv qilg'aysizlar. Allah nasib qilsa hech qaysimizning dilini og'irtish va yoki vaqtini bekor isrof qilish niyatida bo'lib boqmadik, bo'lmaymiz ham.
Doktor Ben Ala efendim. ulandı mı? Ne? Doktor ulandı mı ulanmadı mı? Ben lazım. Ulatıma amma atıdı. Telefondan doktor hep gittim o ya bilmiyorum. Sizler texniklik ishini nim qilaverasizlar. Qanday savolingiz bo'lsa, naq maydonga telefon qilsangiz bo'ldi aziz qarindoshlar. Har qanday savolga va har qanday kishi, har qanday tashkilot shaxsan mendan har qanday savolni so'rasa, o'tirib qo'ysa bo'ldi, ammo bu inkas orqali har xil gap so'zlar, fitna fasod yoki tuhmatlarni qilsanglar, biz ham Ramazonda shu Alloh qo'yishdan boshqa bilmaymiz. Qandaq so'zinglar bo'lsa, menga o'xshash fikrimga chiqib deysanglar 2010, 2015, 2008, 2001, 2025 qaysi shaklda munozara ilib qolsak, suhbat qilsak bo'laveradi aziz qarindoshlar. Doktorim kirdi. Ben kirdim. Kechirishlar meniki nima bu. Xo'sh, mening avu savolim oxirida Ahmadjon bir narsani deyman. Shu natija to'g'risida-chu. Masalan, sizlarga masalan bu natija sizlarga ajoyib bir bilinadi-chu. Bu masalan to'g'ri chiqargan vaqtingizda Facebook chiqaringlar yoki Twitterga chiqaringlar. Bu yerda sizlar qancha odamningki ko'rayotganligini, temani qancha odamningki uni yaxshi ko'rganligini va qandaq bir o'zining qarashini bildirganligini ko'rib turibsizlar. Bu qarashlarning ba'zilari yaxshi, ijobiy va sizlarni rag'batlantiradigan qarashlar bo'lsa, ba'zilari sizlarni ro'yini tushiradigan yoki qasddan tushiradigan tegadigan bo'lib qolishi mumkin. Mushundaq vaqtning o'zida bu natija bir tarafdan qaragan vaqtda haqiqatan sizlarga aniq bir natijani bildirdi. Yana bir tarafdan tushiradigan vaqtda sizlarga nisbatan ma'lum jihatda besim shakllantirdi. Mushunda bir ahvol yo'liqqan bo'lsangiz, buni qanday hal qilmoqdinglar? Xo'sh, Ahmadjon. Ben suvalni tutolmay qoldim. Telefon kelib qoldi. Mushu nimada bizning mush nimamizda sizlarningki odatda to'rga chiqqan vaqtinglarda to'rda mushu berilayotgan programmalar qarta ko'rmanlarning fikrlari bor. Nechidamni ko'rganlik aniq chiqadi, fikrlari chiqadi, qatorliqlar. Buni ba'zilari sizlarga ijobiy bilinadi, ba'zilari salbiy. Endi bu natija sizlar qabul qilsanglarmi, qilmasanglar bo'ladigan nihoyatda bir pokichanlik va bir natija-chu. Bu yomon eg'ir keladigan natija vaqt kelib qolsa, ba'zisini rag'batdan degandek. Mushunda vaqtning o'zida agar sizlar salbiy natijaga yoki salbiy fikrlarga qarashlarga bekcha uchrab ketgan vaqtingizki, besimni qanday bir taraf qilasizlar? Xo'sh, Ahmadjon, men sizlarga telefon kelyapti-da. Telefon kelyapti. Telefonni men besib etdim, sal turib uxlaydigan bo'ldi. Mag'lubni uzatili bo'libdi. Men salbiy natijani ko'rgan vaqtimda avval o'zimga savol qo'ydim. Niyeting pokmi dedim. Bir g'arzing bormi dedim. Zaten o'zimni aynak qilgan vaqtimda mening xijolat to'g'ridek hech qanday bir g'araz yo'q bo'lgandan keyin birinchidan ko'nglim buningdan tindi. Ikkinchidan ben bu media sohasida yaylaqda mangandek, jangalda mangandek yo'l ochdik hammaylar shunday bo'ldi. Hatto Husanjon bilan bu ishni boshlagandan keyin o'tirib resmiy shaklda tajriba almashtirishim bo'lmadi. Chunki daftarimizni o'rtoqlashtiradigan fursatım bo'lmadi, sharoitlarimiz har xil endi. İki devlet yaşayışlar olmasa. He? Şunaqa iki devlet yaşayışlar olmasa. İki devletden işler bir de şeyimiz. Lekin ajnabi narsa bo'lmadi. Buni endi Allah xayrli qila. Biri va ikkinchisi men ekranning boshqarilishini Nahmaydan programmani ilgiriki radyoda ishlagan vaqtlarim bo'lsin yoki mustaqil uning oldidagi gaplashgan vaqtlarim bo'lsin, medianing Nahmaydan programmalari bilan an'anaviy medialarning o'rtasida nurg'un farqlarni his qildim. An'anaviy medialardagini kishilar qanday ayblasa biroz haqli tarafi bo'ladi. Chunki uni odam yo'q yerda ziyorat qilib kundamga ikkilamiz, ya'ni xalqning ko'ziga tanglaymiz. Mana bu Nahmaydan programmasida hatta bir odamni eshitsak, uningga so'zmoqning tishini boshqa yerga turib aytib bersinmi, to'solmaymiz endi biz hozir. Bunda bo'lganligi uchun mana bu Nahmaydan programmasida bizga nisbatan birsini bostirish yoki ko'tarish nimasi yo'q.
Halbuki imkanı var ama nimaga o'xshash ayblanish to'g'ri kelsa, bu an'anaviy mediadan farqli tarafı bir adamda. Gibim olsa, bu adamga diye mana ekran turdi desek bo'ladi. Mening yana bir qanoatim, men hozir qadar ekranning shu o'zimiz ilib mangan tajribaga asosan ekranga men 3 bosqichni qo'ydim. Oldi bilan tanishaylik. Kim ekanligimizni bilishmaymiz. Tanishaylik, tanishtiraylik. İkinci bosqichda bir-biri bilan selishtiraylik. Yani münazirleşelim. Münazir bosqichga kirsin. Üçüncü bosqichda andan keyin bizni tanlab, bugünden itibaren Pidaylar ekranı yoki bo'lsa Piday Ahmad Qashqara ma so'pining ya ma eshanning peshiga esildi. Bundan keyin yo'lam bu. Deb andan keyin qarorni shu chaqda beray. Men shunday qilgan vaqtimda mening kechmishimdan kelgan tajribalar ham amaliy tirishchanliklar bizga andan keyin 3-chi so'zningki 3-chi qatimda tanlashning salohiyatini berdi ekan degan qanoatni o'zim tajribaladim. Ve tanıştırış bosqichida xolis bo'ldim. Selishtirish bosqichini tirishchanlikni qo'lga keltirib baqish uchun qilib baqdik, ammo xalqimizda buning hozir bo'lmaganligi uchun buning o'tamadik. Hatto tanishish bosqichimi mening o'ylaganimdan qaragan chog'da daha nima bo'lmadi. Halbuki bütün %100% degidek darajaga borolmadi. Endi yana bir qanoatim nima desam, mening ekrandagi hozirgi vazifam faqat tanıştırış ve bildirish bo'lganligi uchun faqat vositachi. Yani kimda nima bo'lsa, xalq foydalangan bir narsa bor deb qarasak, shuni yetkazaman. O so'zning xato chiqishi va yoki boshqa taraflarga burilib ketish qatorliq masalalarga yetkazgichi insonlarning salohiyati sifatiga qarab turib, yolg'onchidan bo'lmasa ekranga keldim men. Endi men o'zimnikini qarasak. Ular hamda shu sohaninki e'tirof qilingan doktorlari yoki professorlari yoki salohiyatli insonlar bo'ldi. Tanladik ularni. Kim kelsa hech qanday ishlarni bo'lmadi. Ko'pinchalarga asosan chek qo'ygan narsamiz faqat yolg'onchi bo'lsa va favqulodda bulg'angan nomidagi insonlar bo'lsa, uni yiroq tutdik. Shuning uchun men mushu narsalarning qanoati bilan anda qanaqa salbiy shaklda o'tirib chiqqan narsaga bir oz uchqidim. Ikkinchidan bek nima olmadim. Halaqay o'zimga ig'ir olmadim. Ilingan yeri yo'q. Yani mening javobim bunday bo'lsin. Hoş. İsencan bir tamamsız. Rahmet. Yani bu Uygur medyacılık emas, Uygur medyacılığı deb qarayman men. Çünkü bizning millatga nisbatan bütün narsalar shu Uygurlikqa taraqqiy qilmasa, biz mustamlikaning ichidan chiqqan bir millat bo'lganligi uchun xalqaralashish yoki umumlashishida biroz hamma narsani unda qilib bo'lmaydi ekanmiz. Masalan, hozir televiziyachilikdan kelib, televiziyadagi ziyorat shakliga kelib Uyg'urchilikni keltirsak hech kim qabul qilmaydi ekan uni. Mesela onun misallardan birisi hozirgacha bizga eng jiq keladigan so'zlardan birisi vaqtni qisqa qiling deydi. Ammo vaqtni qisqa qilish uchun bunda bir qancha masala o'tirg'i chiqadi. Mesela sizlarni ikkili ekranga chiqlasizlar. Siz chiqishdan 15 kun burun sizlarga telefon qilamiz. Sözleşimiz, nimini deyishimiz, nimini chiqimiz deyishimiz, tamam deyishimiz, vaqt kelgan vaqt jiddiy bir ish chiqib qoladi yoki chiqmaydi, bir joyga kelishimiz. Başta qilib bu eng ozda bir hafta burun, bir odamning ekranga chiqishdan burun, yuqorisida bir oy, hatto 3-4 oy burun bir odam bilan deyishimiz. Deyishgandan keyin bu odamni ekranga olib chiqib, bu doktorimizni yoki bu olimimizni yoki bu qarindishimizni ekranga olib chiqib, uning bilan suhbat qilgandan keyin albatta bu 15-20 minut, 1 soatda tugamaydi ekan. Çünkü ikkinchi qatim bu odam ekranga kelguncha bir oy yoki mancha kun o'tadi ekan. Eng muhimi bizda ciddi hozir televiziyachilarda qarshi tarafdami shu, bizdami shu riyosatchilarda masalaning nuqtasini debla tushib ketadigan mandaq bir sharoit hozircha chiniqishning ichida ekanmiz biz. Rasmiy g'oyaga yetmadik. Biz yarim soat programma qilamiz desak 1 soat o'tib ketadi. Chunki bu qarshi tarafni yoki o'zimizni kontrol qilish masalasida, ya'ni Uyg'urcha mediachilikqa kelish masalasida xalqningki bizga bo'lgan nimasi bek ig'ir. Yani bizning xosligimizga hurmat qilinmaydi. Yani her adam her xil shaklda tushunib oladi bu programmani va har xil maslahat ko'rsatadi. Hatta mesela tag'da qo'yib boqadigan
bizning padichi Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Shularni bizga texnikdan maslahat berayligini ko'rdim men. Yanında chiqasinglar bo'lmam deb. Ya'ni maslahat bersin, taklif bersin, qarindoshlarimizni qarshi olamiz, bugungacha qarshi keldik. Ammo o kadar ko'p kishining kallasidagi ko'p metod yoki uslub bizga har xil shaklda kelib, bu jihatda biroz beshimiz aylandi ekan. Uningdan boshqa qiyinchiliklardan birisi, masalan men Seyit Turkabandani ziyorat qilgan vaqtimda qurultaydagi ba'zi kishilarningki ochiq kelgan bo'ldi. Qurultayni ziyorat qilgan vaqtimda qurultayni yaxshi ko'rmaydigan kishilar meni haqoratlagan bo'ldi. Yana bir yerni ziyorat qilgan vaqtimda, yana bir yerdagi, ya'ni bizdagi yo'shirin bir tarafbozlik bo'lganligi uchun Uyg'urlarda bundaq ziddiyatlar yoki sen nimishqa uni ziyorat qilsa yoki sen nimishqa buni nim qilsa degandek masalalarni davomli mening shaxsiy nimamda ko'rinib turdi. Ya'ni buni yuzturani deyilmay, bugungacha masalan 3 yil bo'ldi desak, 3 yildan oshdi desak, 3 yil jarayonida bir odam chiqib sen mana bu so'zni xato qilding deb fikrni yuzlamang deb boqmadi shaxsan. Bugun inshaalloh biroz chiqib Ajuslavay so'ragan savolni so'raydi deb fikrimga keldim. Chunki mening keynimda najiq fitna qilganlar bor. Bular bu shu hijrat yoki Suriyaga qaytib olgan gaplar bor. Bular butunlay tuhmat bo'lganligi uchun bugun bir erkakdan birisi chiqib so'ramdiki deb umid qilaman, inshaalloh so'rab qolar. Ammo yozgan inkosli chiqqan, ammo Slavay so'rab bo'ldi, ammo xalqning ichidan chiqishini umid qilaman. Siz bugun bir riyosatchi bo'lasiz sifatida bilan. Ashunda so'rab qolsa, bunga bir javobni berib, men bu üstümdeki bu fitneden qutulib ketsem deb o'ylayman. Necha vaqtdan beri nima uchun o'zim chiqib buning javobini bermadim desa, bir odam chiqib yuzimga so'ramasa uni. Men millatning bu yerdan xafa bo'lib qoldim. Ya'ni nima uchun yuzturani har kun biz ekranda telefonimiz ochiq. Bu telefonga hozir naq maydondan har qanday odam telefon qila oladi. Ahmadjonning qo'lida kim telefon qila oladi? Naq maydon, ha? Telefon qilib, Hüseyin Tecelli, siz mamaşlı qilganmi qilmaganmi deb 3 yildan beri nima uchun o'tirg'i chiqmay shu keyindi yozdi deb men bugungacha kim chiqsa o'tirg'i andan keyin javob beraman deb javobimni saqlab o'taman 5-6 yildan beri. Bugunga chiqmadi. Yana bir narsa, bu ishni qilmoq intayin tez. Masalan, 3 yil jarayonida biz yuzlarcha soat gap qildik. Agar chet elda xizmat qilayotgan bir aktivist, bir siyosatchi yoki bir ulamo yoki bir kim da'vatchi bir jumla so'zni xato qilsa, Islom Xitoy uni unalg'iga ilib, videosini kirishtirib, darhol uni to'rga otadi. Bu geleneksel bo'lib ketadi hozir, urf odat bo'lib ketadi bizga. Ya'ni kim bir og'iz gapni xato qildi ekan, darhol chiqirdi. Ko'rdingmi mana deb. 3 yildan beri mening bir ikki og'iz so'zimni men anglab boqmadim. Ma inson ma so'zni xato qildi, siyosatga qarshi yoki ma'ishga qarshi deb mandaq narsa chiqib boqmadi. Demakki biz bu yerda to'g'rini qilyapmiz deganlik uchun xotirjam shaklda xizmat qilyapmiz. Shaxsan men xizmat qilyapman. Ahmadjonningki uslubi bilan mening biroz farqlandi. Men xizmatni boshlagan vaqtimda mandaq bir shaklda boshlagan. Masalan, men bir da'vatchi, men oldin bir falsafichini yoki bir tibbiy fan yoki bir tabiiy fan kishini chaqirib, chiqaylar o'tirib munozir qilsak naq maydonda, hali buningdan manfaat olamdiki deb boshlagandim buni. Shu asli men riyosatchilik shaklida boshlamagan. Men ishga ta'tib kirib olgan aslida. Boshlab men suhbatchi shaklda paran qildim dastlabki programmalarimda. Masalan, sizlar bilan qilgan programmada men sizga so'ragan, chiqaylar munozirlashish programma qilamdik yoki men sizni ziyorat qilgan, siz javob beradigan programmani desam, sizlar munozirlash programma qilamiz degandek. Osh programmadan men jiq besim oldim xalqdan-chu. Sen nima deb jiq gap qilsa. Meni iliqi ikkalarning o'tirsa deyishib olgan narsa munozir qilish emasmi? Ayni vaqtda. O'z ara suhbatdi. Shuning bilan men anda o'ylab suhbatni qilaveribdim kishilar bilan. Ama siz ben sizge berip atkan vakitini uzunlukla bana azırak beğenmediniz de uçağını çekilettiniz de gete şaşırtma. Bu hatalıklı var çünkü destekli vakitler boğandayken onda hatalıklı köp bizde. Çünkü biz birer mektepte okumadık, riyasetçilik mektebinde okumadık. Benim en çok çetel ağan nersem şu nimeden radyodan mesela Gülçehre Hanım geldi bir qancha mediachilik kelib Gollandiyada bir 5-6 kunlik bir workshop
nemiz kıldı. Ögünüş kıldık. Şu vakti da 3 gün orundukta oturup medyacılıkta ders aldık. Ahmetcan mı var, ben mi var, başkalar mı var? Şu, benim çetel tarihimdeki bu medyacılık kesbi hukukunumda. Bunun için o çataklar devamlı çıkıp durdu. Ama inşallah bugün gece Allah saklasın bir hata gepni kımmağa okşayımız dep oyulduk. Çünkü bugün gece bir hata gepni videoya çıkarıp yüzümge atmadı. Şununla karab yani. Ama insanda turgun hata gep kılımız. Yani bu iş aslında oylagandan cık mürekkep. Mesela işkiramda sılını çıraylık göz için şunda terişimiz. Ahmetcan bu şuna kıldı. Ben bu şuna kılma. Aş yüzlerim, ben bazıda işkiramda kalkma yüzü set görünüp kalsam ben yüzümü setleştiriyordum işkiramda. Demiş ki mihmanlı çıraylık göz değil deyimiz. Hürmetini kılayın deyimiz. Mihman bazı hata gep kılıdı. Hata gep kılanda biz çıraylıkça onu nem kılışık terişimiz. Çünkü öyküge mihman uçu. Biz kubab onun ciddi mundak nem kılamayız. Ama bunu xalq hata düşündü. Yani bununla karşı adamlar çıkıp onunla demeydi o gepni, bizge deydi. O muyundak gep kıldı ki bu var kazadı. Bu şundak işler devamlı yüz verip durdu. Hem de Ahmetcan man qarğan cıq çydamlıkken Allah razı olsun geplerden şu çıkıp durdu. Ama her zaman besim, ziddiyet, hücum, şefkat ve maqtilishning işide bir qaynamning içinde yaşayotganligimiz aniq. Ben bir çıkış gepni qilib o'tib optik savoldan shaxsiy savolga o'tayman. Çünkü optik savoldan bir kishini qaldiray bo'ldi. Hamda birinchisi vaqtni kontrol qilish. Men haqiqatan bugun meni vaqtni kontrol qilishda ba'zi joylarda ba'zining gapi yomon cho'nqur shaxslarningki uzun yillik his tuyg'ularining yomon cho'nqurligiga kirib ketgani uchun men haqiqatan bo'lgim kelmadi. Bu bizninki bu ajoyib bir men bugun sizdinmi öyle qisman davlatning gaplaringizdan bizninki mustaqil medianing bir xil kulturningki shakllanayotganligini his qildim men. Zaten Uyg'urlarning mustaqil mediasi qanday bo'ldi? Bu haqda albatta chiqqanlar va boshqalar mush yo'lda menayotganlar izlanibsizlar. Bu kultur shakllanibdi, texi to'liq bir qanot quyruqlarini chiqarib to'liq bir eyvalab bo'lmabdi, ammo shakllanibdi. Savolni qanday so'rash, vaqtni qanday kontrol qilish, masalan, öy dediniz mesela, mehmon bilan sahiplik o'tirib munosabat edingizda, nihoyat bir qiziqarli o'qitish bo'ldi. Chunki chet eldan nemis degan vaqtda baravar o'rinda qo'ydilar. Bizga o'xshash mehmon tushunchasi g'arbninki mediachilikda tuvan bo'lganda. Javob bersam va bo'lmasa ishini qil degandek bir xil nima bo'lib qolmadiki, kaskinlik nimada? Ma nimani BBC'niki hard talk degan bir nimas bor. Nadir bu degan gap Uyg'urcha tarjima bilsam da BBC'ning naatiliqi eg'ir bir programmasi bor. Nadir eg'ir savolni so'raydi, o'rtog'ichingizga ta'lib etadi. Ya'ni qattiq o'rinli o'rtog'ingiz degan gaplar biz desak. Demak, sizlar bu jihatda bir kulturni yaratib, uni tarbish qilib, qilayotganlar ekansizlar-da. Sizlar meni his qilganim degan. Bu bir his qildim. Anadan yana birisi sizning gaplaringizdan yana bir narsani herhalde ikkinlarninki uslublarda ba'zi farqlar bo'lsa-mu, nim bo'lsa-mu, gapni to'g'ri qilish, gapni o'ramiga diqqat qilish bu jihatda bizningki naqadar o'zimizning kulturimizdan boshqa, yana bizningki siyosiy jihatdan g'oyat zo'r bir sezimchanligimiz, sezgirligimiz bo'lishi kerak ekanda bu yerda. Albatta shunday bo'ladi. Ammo sizlar har vaqt kallangizda ba'zi Ahmetcanning programma chiqqan vaqtimda Ahmetcan bir qitim dedim men, bir qitim qattiq yerib ketgan ekan Ahmetcan. Ahmetcan bek yerib siz keyin qilamdiq desam, kesalkan o'zim bilmabdiman shu chaq bek zukamdan qopqankan. Şundaq vaqtim qilib ketdi Ahmetcanda. Demak, bu bir eg'ir bir ish endi bu. Haqiqatan eg'ir bir ish. Xo'sh. Optik savollarimiz tugadi. Endi shaxsiy sizlarga atagan 3 ta savolim bor. Qisqa bir javob bersanglar, hozir bir yarim soat telefon bor. Men qazim bo'lib qolgan telefon bor. Elivdamdoq ya, çünkü shirkat aqsa qoldirdi Ahmetcan ma'ni. Tamam, bak. Tushda men bo'lmasa. Xo'sh, Hüseyin Tecelli efendim. Mening kuzatishimcha siz Uyg'ur jamiyatidagi xuddi Ahmetcanga o'xshash jiddiy masalalarga jiddiy inkas qaytaradigan bir mustaqil media xodimisiz. Bo'lib bizningki Xitoylarningki Uyg'urlarga yurgizayotgan qatliam davomida, ya'ni ham bu davomlashayotgan bir qatliam bizning beshimizdagi nurg'unlagan kishilarningki qatliam bo'lgan qarashlari, hatto o'ziningki kechirmishligicha so'z etdingiz. Bu orqali biz Xitoyningki Uyg'urlarga ko'rsatayotgan vahshtini dunyoga jumladan bizning Uyg'urlarga bildirmoqchi bo'ldingiz. Agar siz hozirmish o'zingizningki garchi bu vahshat, bu qirg'inchilik oxirlashmagan bo'lsa-mu, oxingizga boqqan vaqtingizda mushu Uyg'urlarningki qirg'inchiligidan to'sish ishida yoki mushu qarshilik bildirish ishida
Sizden bir media xadim bola sütlüp qiyga işlerinizde hakikaten vicdanınızı bir rahatlandırdı dep qaramsın. Nimelerni yaxshi qila oldingiz, nimelerni texdimmi yaxshiroq qila olaydi deb o'ylab qolasiz balki. Allah razı olsun, ait yaxshi bir sual. Elbette bunun evvel men bu lager meselesini o'ttirib chiqma yoki lager uchun Uyghur xalqini uyg'otaman degan maqsadda boshlamadim herhalde bunu avval bunday o'tay. Lager bilan ancha munosabat yo'q. Yani lager ichilmagan bo'lsa men yana shu tashviqotimni qilaverdim. Ammo eng qiziq tema va gündemdeki bugün bütün dünyada bizimki dunyoga yetayotgan tashviqotimizning birisi lager bo'lganligi uchun men boshda nurg'un qarindoshlar bilmaydi, men asli turkcha naq maydon qilgan. Turkcha 4 Uyg'urcha naq maydon qilishdan oldida 4 qitimliq naq maydon suhbatim bor meniki turkcha. Naq maydon qilib o'tib, keyin bir Uyg'ur chiqib qaqay. Chunki chet el tiliga qilsak yaxshi bo'lardi deb o'ylagandim shu vaqtda. Uyg'ur chiqlay deb Uyg'urcha abay degandek bir Uyg'urlarning bir munozara bir aslında bir munozara o'rinini shakllantiray deb o'ylagan naq maydonda. Bunda riyosetchilik qilib, kishilarni chaqirib, muxbirlik qilib manda hech kallam kelmagandi, ammo keyin bu xizmat ashinaga olib ketdim yine. Tamam deb davomlashtirdik. Allohning rahmati bilan nayt yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, lager meselesi chiqqandan keyin men asosan shu jamiyatdagi aktiv insonlarni yoki siyosatchilarni yoki dindorlarni hammalarni fikrini hep chiqib normal xalqning uyg'onishida, chunki xalqimiz ko'p uyg'onib bo'lmagan shu 2017-yilda. 2018'lerden 5'lik ötüydü, 2019'lar erkek geldi, 2020'lerden tabi Nederlab hem meylenin kalbide bir Xitay'a karşı bir nesli uçkun davatıdı. Şu vakti de şu ulemalar olsun, meyli tabiben okuganlar olsun, meyli ziyaliler olsun, meyli mağripçiler olsun, YouTube adresimi karşıya meylin çıkıyordu. Asas cihetten bugünkü meşhurlarının köpüncüsünün asas cihetten ben fikran ekip oldum desem oldu. Bir kıtımdım olsun mu? Yani bularning so'zlari orqali xalqqa bir umid va uyg'otish nimasi kelish, hareket elib berish va bu orqali lagerga nisbatan bir umumyuzlik qarshi chiqadigan bir kayfiyatni chetda shakllantirsak deb bu şekilde da'vat tashviqot elib bordim, ya'ni media xizmati elib bordim. Ya'ni xush qildigan ishlar bo'lsa xalqqa nurg'un sizlarga o'xshagan doktorlarimizni, alimlarimizni tanıttık. Kişiler çıktı, destek kademde bek tersi olgan. Nurgullar çıkmaydı, çıkılmaydı, çekin etti. Her xil nim bolattı. Bu işkiranın keyinde nurgun işler 101'lik azı sırxaltı olup kettik biz. Hani o dikin teşkilatlar otursadaki ziddiyetler cereyanında mı bir de. Mesela köpünce benim itibar belginem 2 şahsını, 3 şahsını birlikte çıkışını bek yaxşı gördüm ben. Özümün münazır kılışını yaxşı görgenlikim üçün. Şuna 3 şahıs 3 teşkilattan çıkanlık üçün bunu koraştırmak bek ders oldu iken. Hatta bazen planlarımız hazırlığa çıkamadı. Mesela bazen çoğun teşkilattan ki başlıklarını bugün gece işkiran ve ekip olan matımız. En çoğun teşkilatlarımızı. Bunlar yalvarıp baktık, dep baktık, bir işkiran ve kilan oldu dep baktık diyendek bulmadı. Yani jığıp etken vakti da nurgun kişiler işkiranğa çıkıp xalq bilan tanıştı. Xalq bundan bak xursand bo'ldi. Bularni dastlab 2018-yilda baqar qilinibdi. 2018-2019 resmi yuqori cho'qqiga chiqdi. 2019'un oxirida Xitoyning jiddiy Facebook, WhatsApp to'plariga hujum qilishi bilan bir fitna qo'zg'ab, bu tashviqotdan xalqning chekinishini keltirib chiqadi Xitoy. Maqsadim shu-da. Hozir shunday qilyapti. Shuning bilan biroz tinchidik biz hozircha. Asli bizningki oltin davrimiz 2018-2019. Şu vaqtida xalqning bek ijobiy qaragan faoliyatlar bo'ldi. Hatto qurultayning olsun, ma'rifning olsun, cho'ng namoyishlarni bizning ishkironlarimiz orqali tashkillaydi. Bir namoyish tashkillamoqchi bo'lsa, men Yevropa NATO'nun oldidagi namoyish olsun, boshqa yerda namoyish olsun, 5000 kishilik, 10 kishilik namoyishlarda shu tashkilot boshliqlari ishkironga chiqib shu yerdan so'zlaydi. Bizning ishkironlarimiz orqali chiqadi. Chunki ularning shaxsiy ishkironlari vaqtcha taraqqiy qilmagan ham bizim işkiranlarımızda kişiler merkezleşkenti. Bu altın devrini baştan ötkezdik. Şu devirde mesela ben 18 ay Amsterdam'da işxana açtım. Amsterdam'da bir adamın işxana çalışı bek tesir işemdi. Şunumuzun aram yapıvatkan inşallah.
yani işxananing ijarasini ko'tardik. Bir kurumlaştım ben şahsen. Ama 18 aydan keyin buni taqgan bo'ldik, kuchimiz yetmay. Yani o xushalliqlar bo'ldi. Yani ciddi bir talab bilan yuqori qatlam demdik yoki ziyoli olim ve doktor professorlarni kuchqashtirishda ishkiranimiz cho'ng rol o'ynadi. Yaqin zamanda YouTuberlar biraz chiqib o'zini ders qilayotgan bo'lsa-mu bizningki olimlarimiz, ammo 5-6 aydan oldigacha shu bizning ishkiranimiz orqali chiqadi. Istiqlol orqali chiqadi. Yana boshqa bir ishkiran orqali chiqadi. Yani chet el tarixida Uyg'urlarning ma'naviy mahallashishini keltirib chiqargan ishkiranlar desak bo'ldi bizni. Yani xalq bilan yuqoridagi kishilarning qo'l ilishib ko'rishishini bağlanmışsın. Köylük olun. Ben bir sual sorayım işade. Sözünüzü bilip ettim. O mesela hazır iki nokta dediniz hazır çok siz. Birisi bu reallik bu. Birisi YouTuber'lar çıktı. Ben o kas günü bütün çıkıdan bir nesini çaplap koydum üzerinde hem de bir kalam kep kaptı ki. Elbette bu Uygurlar cemiyetinde sözleyelediğin, bulap oturup çıkıp sözleyevat kalmanın gibi YouTuber nemisi kanalı bulat izmişken hazır. Hem de işkilatı ben. İkincisi bu mesela teşkilatlar hazır bağlansın özünün teşvikatını küçeytiş için özününki televizyasını tartıp başka şekildeki jurnalı, tozbet katarlıkları bağıta burun adı televizyasını tartıp küçeytiyordu. Hazır bu şu teşkilatlar 32 televizyanınki bir besbeste bir nemisi var hem de. Bir rekabeti var bir yerde. Muşunda bir muhitte siz muşu özünüzün hizmetininki ehmiyeti ve keliküse kanda karaysınız. Elbette hazır kıskıça aytgan vaqtida YouTuberlarning chiqishini şahsen ben qo'llayman. Çünkü bu rekabet, men rekabetçi aslında. Yani rekabetçi deganim her qandaq masalani bu fikran ustida qiladigan adam, tashkilot, TV, YouTuberlar bo'lsa, bu biz uchun bek yaxshi bo'ladi. Bizning texnik kuchayishimizni keltirib chiqardi deb o'ylayman. Shuning uchun dastlabki meningki ichimdagi bir baldoq ustun va cho'qqini qilish taqlidiy metodi. Masalan bu Perdağız programımızda oturup çıkıyordum ben. 4. kısmı aldığımızda çıkıyordu inşallah. Yani, nime gün tertipki kelgen olsa şuna hep çıkış meselesinde aldığı kitabımızda boylayma. Ama YouTuberlar, başka TV'lerin ki ciddi bir barıcı güller, oreklep içilevatkan bir adetini şekillendirvatkan bu vakitte bizden tekimi bu güçlendirdi, rekabette tekimi çınıktırdı deyip boylayma. Ama bu onda asa işemez. Bu teşvikat işi onda asa işemez. Mesela YouTuber'la hazır çıkıvadı 5-6 tane YouTuber var, 7-8 tane değil. Resmi YouTuber ama sizge okşayın özünün ilmini çıkarıvatkanlarını ve YouTuber dep qaramayman. O bir ilim. YouTuber degenimiz aslında meninki nimemde tabir berişimde YouTuber kişilerini özünün ikranını celp kılış için bütün meselelerini, temalarını oturup çıkıdığın kişini ben YouTuber dep qarayman. Ama özünün ilmini, matematikini, felsefesini ya ilmini sözlep çıkıdığın adamı ben YouTuber dep qaramayman. Onu bir muallim, alim dep qarayman. Yoki şu işinin ehel dep qarayman. Onun için yakında bu neslinki ayığı joğuluşudu. Yani sözleydiğanlar sözlep bu işinin faydasını elip hemen bu işi tutup çıkıdırken ben deydi o. Alımlarımı sözlep bir yere kilidi. Bu tavlanıp cevher insanlar, cevher YouTuberlar, cevher TV medya organları kayıp kalıdı. Acizler ölüdü, küçükler yaşaydı. Yani bu garipnin felsefesi boyunca. Yani bunun için şahsen ben de bir ensireş ya ki kandak bundanki nim bula dep oylamayman ama bu bir yaxşı ahval xulasa bir. Bu nime ço Hüseyin Tecelli efendim manda mening bu şahsiy kögünümde ço. Siz hazır yani ikimizde qanchalik ortaqlık bağlılığını bir densep bakıp bilip bakay demekçi. Mening karşımda hazır sözleydiganlar yaman gap bek jiq bo'lib ketyapti. Ama hareket bek az oladı. Meyli qaysi sahada, qaysi munbarda, qaysi xil şekilde sözleyli. Biz çünkü hazır en iş kıldığan, emeli iş kıldığan hatta ki xalislikla başkalarga bildirmey turib iş kıldığan vatandan munkazligida muşunda bir ciddi vaqtning özüde gap eliqi bağansı şaxlap eliqi kontrol qiysar köpeyip ketadi. Gap qiladi çok hazır. Ama iş tertip tanası boyunca azlap ketadi. Haqiqatan siz shuna deb qaramsiz. Mesela mush gapni
boshqaruvchi va kuzatuvchi va gapning ichida yashovchi bir kishi bo'lyapsiz o'zingizda. Acayip başında deb qarayman. Yani gap intayin köp, iş intayin az ketayotganligi. Hem de iş azlaştı desek bazen teşkilat şahslarının konuğuna giriş mümkün. İş kılavatkanlar var. Ama hakikaten yani abay mening deganimning ma'nosi şu. Bu pat arada bu cevherler süzülüp kalıdı. Axlatları tushib ketdi. Chunki xalqning ko'zi bek yomon ekan. Bu mediani men bir oshxonaga o'xshatdim. Tamoqni yaxshi itib mehmonning oldiga kelsizlar, medialarda chiqarsa, mehmon o tamoqni maqtab turib yeydi. Chunki medianing insonlarga beradigan eng chong foydasi faqat manfaat, ruhiy, ma'naviy bir manfaat bo'lganligi uchun kishilar buni ko'radi, bundan jinas oladi, o'rganadi. Ilmning o'zining bir manfaat. Agar o tamoq shunda o'xshamasa, bir kun siz bir xato gapni qilib qo'ysizlar, islom sizninki ko'rilish nisbatlarini tushidi. Hatta sizning shu xato gaplarni ko'tarib chiqib, aynan bir haftadan oldida biz Ilhom To'xti voqeasini ko'ryapmiz. Bu 3-4 kundan beri Ustibirlik voqeasini ko'ryapmiz. İnsan kichikkin xatolik o'tkazib qo'ysa yoki tamoq qutisini oz sasla yoki yuqori silvaslar, darhol tamoqni yeyotgan xalq o lag'manni beshimizga otadi. Sel açık yamalları. Sel axloqliqlari ustan tuz az qap, tuzini sanmapla başkan tuz duyup ketken bite tuz ekkepereymi deydi. Sel mandaraqlari tamağını qo'yib chiqdi da o'zimiz media nimamizda, sahnimizda qolamiz. Bizni 2-3 adam izlagan vaqtlarim bo'ldi. Ko'rgan vaqtlari 3-4 adam ko'rgan vaqtlarim bo'ldi. Masalan, bu shu kunki ekranda deyilayotgan menfaat yoki deyilayotgan temaga munosabatli ish. Uning uchun bugungi gapning jiq bo'lib ketishi, agar u gap tutamga chiqmasa, xalq boshlamada qarab baqib, shuning uchun har qanday bir YouTuberning dastlabki chiqargan narsasi qarasla 1000, 2000, 5000 odam ko'rgan bo'ladi. Ikkinchisi qaragan bo'lsa 5-600, 7-800 bo'ladi. Uchinchisi qaragan bo'lsa 3-400 bo'ladi. Ammo alohida bu odam fikr ishlab chiqarayotgan bo'lsa, ilm ishlab chiqarayotgan bo'lsa, onunki ko'rilish soni boshda 5-600, undan keyin 5-6 ming chiqdi. Bu xalq nəhayət ichki ilg'i oladi bu medialarni. Buning uchun pat arada kimning nima ekanligi, kimning quruq gap qilayotganligi, kimning ish qilib turib gap qilayotganligi, gapni qilamiz albatta. Media gap qildigan o'rin, ammo uning gap qilayotgan odamlarning amaliyatiga qaraydi kishilar. Pat arada bu narsalarning hammasi so'zlab chiqadi. 5-6 oy. Mening cho'ng onam kichik vaqtimda, men yezida birga cho'ng bo'lgan vaqtimda bir ish jirlab, bir ish qo'ldan kelmagan vaqtida natijiq uzuk so'z aytdi-ku. Gap jiqlab ketdi. O'zi bilan so'z aytdi. Ikkimiz yolg'iz qolgan u vaqtda men mush millatimizning ishini shuningdek ko'raman. Men ya'ni bir ishni aqtiranmaslikdan, bir ishningki ishga ko'z yetmay, jilg'ilab baqurug'ligimizdan, ümidsizligimizdan gap chiqib qolgan bo'latamligi deb o'ylayman. Uning ustiga o'zimizning ojizligini yepishdiki bir cho'ng bir maskacho bu to'liq gap qilish. Xuddi o'zimiz bir ish qilayotgandek nima qilamiz. Xo'sh. Yana bir savolimga kelayman. O'zimning gapini to'xtay. Bu siz abay bu shaxmatning gapini qildingiz. Munozirning gapini qildingiz. Endi men sizningki xarakteringizni analiz qilgan vaqtimda siz shaxmatning bir xil aqliy jihatga dialogchi bu. Bir munozir shakli bu shaxmat mandabisin. Unsiz munozir shaklichi shaxmat. Sizningki tabiatingizdan o'zra dialog qilish orqali bir haqiqatga ishonishdek bunda bir narsani ko'rgil bo'ladi menimcha, xatolashmasam. Endi mening bu savolimda sizning bu nimangizda siz mesela ikkimiz munozirlashdik deyli, ayni vaqtda falsafa boshqa jihatda siz islom din nuqtasidan chiqdingiz, men g'arb falsafa chiqdik deyli. Garchi bizninkilar boshdagilarga abay dedim-ku, men mustaqil medianing kulturi shaklini bo'lmaganligidan siz qanday qilishni bilmadingiz, men qanday javob berishni bilmadim degandek bir gap. Hozirgacha kelib o'tirib ketdik, shuni egri qilyapmiz-da endi hozir. Ishonishdek. Endi xo'sh, bu mijozingizdan siz Uyg'urlarniki mush mediasi bir yangilik yaratmoqchi bo'ldingiz, ammo hozir ish qashmadi. Masalan, qanday ish qashmadi desangiz, masalan, bu nimaning gapini qildingiz? Seyit Tümtürk bilan dunyo Uyg'ur kulturi o'rtasida misol deb oldingiz-ku. Agar ashunda bo'lsa, ikkalan shunday dedi, har ikki bir masalan, qaysi tarafdan bo'lsin, yo bir misol tarafsizday. Bular oqidan gap qiladiki, ammo oldidan chiqib gap qilolmaydi bular. Shunaqa. Oldiga chiqib gap qilishga ta'vat qilsangiz, qachon har ikki taraf. Bu meni hayron qoldirdi. Bu bir. Ikkinchisi
üst birlik to'g'risida Turkiyadagi 3 ko'zga ko'ringan professorninki tashabbus bo'lyapti hozir. Masalan, Olimjon Inoyat, Abdurashidov Qarloq va Varis Chaqandan iborat 3 professorninki bu vaqtdagi butun dunyodagi tashkilotlar bergan tavsiyasi hozir o'tirib qo'yilyapti. Ammo buningga qetilayotganlar bor, qarshi turayotganlar bor. Hatto tashkilot shakldan qilayotganlar bor ekan. Unda bo'lgandan keyin agar mushlarni yana o'xshash shaklda munozaraga taklif qilsangiz, yana kelmaydi. Ehtimol professorlarning ba'zilari kelish mumkinki, uni men bilmayman. Ammo uning o'sha qarshi gap qilayotganlarmi, endi kelib mishal munozara qilinglar, men shuni yaratib beray deb, ya siz yoki Ahmadjon chiqqan desangiz shuni kelmaydi. Demak, bu meni sal g'alitlik his qildirdi. Yezishga o'rinki 100 kelmaydi. Elakma Uyg'urlarning gapi desek, endi bundan səllik ayarlarını kəmsiz gepi var. Böyle kişilik aldığımız kelib gepini qılmamsa, yüzümü dememsə deyilən bir gep var o. Bu şekil yok bunun da. Demek sizden karşınızda tecrübeniz elbette vakta Uygurlardaki muşu münazır kültürü hakikaten yetilmegen mi? Ya ki bu bizdekilikte uçuk yoruqlıktan keçiş mi? Ya ki yüzümüzden çıkıp geçişten korkaş mı? Zaten nime zaten bu? Bu ikkinisi bor deyman. Biri munozir kültürünün yetilish masalasida hozirgacha Ahmadjon qanday bilmayman. Bugungacha 3 yil jarayonida bir xalqni munozirga tashkillayolmadik. Fikrimga kelinglar, munozir qilaylik deb baxtim. Ahmadjonning programmasini ko'raman. Söz avraman. Tamam. Munozira kültürünü, munozira medeniyetini hozirgacha shaxsan Qarindoshlik studiyasi nurg'un kishilar taklif qilib baxti. Deb baqqan bo'ldik, ammo bugungacha ikki xil fikrdagi kishilarni chiqib munozir qilish masalasida bir ikki qatim men fikrimga kelib baxtim. Masalan, Ali Akbar Damollon bilan Abdulla Ayib efendimning ikkisining o'rtasidagi bir jiddiy ziddiyat yoki bir qarshi fikr o'tirib chiqqan vaqtida bu ikkilan chiqib bir munozir qilishib xalqqa ochiqlik beralaydi degan maqsadda bularni fikrimga kelgan bo'ldik. Gelsak ama mesela fikrimga chiqishdan burun bular bilan deyishib oldik. Xalqqa umid berish, xalq bilan chiroyli bir şekilde bu ishni tugutish degandek masalalarni deyishdik, ammo fikrimga chiqqandan keyin unda bo'lmay qoldi. Ya'ni shu o'zimizning mijoz bilan u munozara biroz qizib ketgan bo'ldi. Ya'ni munozara axloqi yoki munozara ilmiyligi degandek narsaning Uyg'urlarda biroz tuvanligini his qildim, ammo nimada yuqori ekan yozmada. Mesela her qanday bir videonun astı qarsak, kishilarning jiddiy munozir qilayotganligini, fikrini o'tirib qo'yayotganligini, ularning ba'zining ismi va surati va ba'zining bor yo'q. Yozma orqali munozir qildigan ishlar xili bor ekan bizda. Masalan, bir maqola o'tirib chiqqan bo'lsa, darhol uning bir obzor maqolasi yoki qarshi binasida xalq binasini yezib chiqa oladi ekan, ammo fikrimga chiqib ma'u oq, ma'u qaraydi deb munozir qilishlar bugungacha biz bu kamchilikni ko'ryapmiz. Ikkinchisi şu teşkilatlar başlıklardaki yak teşkilatlar o'rtasida ikki teşkilat başlığınınki bir yer kelib munozir qilishida bu g'arb dunyosida bek taraqqiy qilib ketgan. Masalan, Amerikada ya g'arb dunyosida qanday prezident maydonga chiqmoqchi bo'lsa, saylamda ikkisi kelib televizorga chiqib munozirlashadi. Ammo biz buni biroz jiq kishilarga taklif qilib baxdik. Mayli qurultay, mayli ma'arif, mayli başkalar olsun, ular şahsen Qarindoshlik studiyasida bunday bir munozirga hozirgacha nim qilmadi. Bo'lib demadi ham xalqning orasidan ba'zi yoshlarni yoki qarindoshlarni taklif qilib baxtim. Munozir shakliga asosiyatdan kiramadik. Bu üst birlik bilan bugungi chiqqan bu qabullikqa mening deydigan bir og'iz gapim bor. Bu to'g'riliq oldingi kunlarda yana nim qilamiz. Ben hozir 3 tane programdan keyingi suryapman. Mana yana ayt o'rganib. Nima ish qilsa bu bir haftadan bo'layotgan bu qabullik odamni ranjitadigan gap so'zlarni chiqib bo'ldi ham kun tartib bu bo'lganlik uchun boshqa temalarni ekilish nimamiz shaxsan mening bo'lmay qoldi. Ya'ni diktatorlik tashkiloti, diktatorlik liderligi bundan keyin bizda bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Buning uchun har qanday bir tashkilot qancha yo'g'onsin, boshqa tashkilotlarning qurilishiga daxl qilmasligi, hamkorlashishi, cho'qim mening qo'ynimga kirishi kerak demaslik kerak deb o'ylayman. Chunki men
Dünyadaki Uyghur teşkilatlarından birisininki nəhayət çoğ diktatorluq qilgan 5-6 senelik yıllık tarihini gördüm. Yerlik teşkilatlarını kurgulu koymadı. Yerlik şahslarını çıkkılı koymadı. Men başlık, men teşkilat, men başkurma, men fond, men pulunu men jığıma ama sen qılmaysa, sen çıkmaysa degan narsa men hayatımda kögellik üçün chet elde bu işning nəhayət nachar bir iş ekanligini, bunun Xitoy diktator hakimiyetiga o'xshab qolganligini his qilib, fikrim o'zgarib, birlik degan gapga men ancha nim qilmayman. Men hamkorlik degan gapni yaxshi ko'raman. Chunki bu Türk milletining qiyinda bor ekan, bu birlashish masalasi bizda biroz tez bo'ldi ekan, ammo hamkorlashsak biroz oson bo'ldi ekan hamda. Bular bizdek mustamlik millatningki birlashish jarayoniga biroz uzun vaqt ketdi ekan. Shuning uchun har qanday tashkilotningki har qanday bir tashkilot yoki shaxslarning o'tirg'i chiqishiga, liderlarning o'tirg'i chiqishiga, yangilikchilarning o'tirg'i chiqishiga, ishqiyguchilarning o'tirg'i chiqishiga to'salg'i bo'lmasligini umid qilaman. Chunki axlat tashkilotlarni xalq birdamda bilib oldi ekan. Bir qancha axlat tashkilot bor, ismini aytib yo'g'on. Ba'zilari kuch parcha bo'lib ketganlari bor, ba'zilari bir qancha cho'lib ketganlari bor, ba'zilari bir kishilik tashkilotlar bor, necha yil burun qurilgan bir kishiliklar. İşte bir odamlar bor. Şu Zongtung yoki shu boshliq. Ikkinchi bir odam yo'q. Bunday tashkilotlarning davomli chiqib, ikrorlarga chiqib so'zlab turdi. Ya'ni xalq uni biladi, ko'zi bilan ko'rdi. Şu ish qilayotgan tashkilot bilan ish qilmayotgan tashkilotlarni jinglab bo'laqli xalqchu. Gap qilib hayotida kunda WhatsAppda, Facebookda so'zlaydiganlar bor, ammo bir Uyg'urga kichikkin manfaat yoki bir moddiy ma'naviy bir narsa bergan shaxs yoki tashkilotlar nihoyatda oz. Bularni qadrlaymiz deb o'ylayman, ammo hech qanday tashkilotlar rahbarininki diktatorlik yo'liga menishi bugungi kunda xalq qabul qilolmaydigan, biz qabul qilolmaydigan bizning ikronimizning asosiy maqsadi shu tashkilotlarni tizginlash. Yani dünyada en arka bir cümle sözümünü qilib o'tay. Dünyada prezidentni tizginlaydigan narsa ekran, media. Şoňa Trump boşdunmu, muxbirlar çok yoğan sualını so'rab qizaytib qo'yib o'ltirdi. Medianın gücü prezidentning kuchidan yuqori olib keladi ba'zi uchun. Buning uchun Uyg'ur tashkilotlarini tizginlash va ularni to'g'ri yo'lga selishda va diktatorlikdan jiroq tutqizishda bizga o'xshagan mustaqil medialar nihoyatda muhim rol o'ynaydi o'ylayman. Rahmat. Bu Hüseyin Tecelli bu bizdeki çok bir tragedilik bir mesxire bu. Ama Türkçe ironi deydiken bu. Bir nimiş karar deseniz demokratiyani, erkinlikni qo'g'lashayotgan bir millatninki, cho'ng tashkilotlarninki demokratiya va erkinlikka hurmat qilmasligi mana shu mesxireninki mazmuni bo'ldi bu. Bir. İkincisi munozir dedik-ku, abay siz obdan sharh ediniz, birmuncha qatqim yo'q. Ya'ni saylanayotganlardan hech qaysi yoki ko'p sonlarda o'zininki planini o'tirg'a qo'yib, yana birisi bilan Amerikaninki o'xshash yoki Yevropaninki saylanlarga o'xshash munozirlashmaydi. Xalq u saylanayotganlarning qanday bir kun tartibla o'tirg'a chiqadiganligini bilmaydi. O saylanib shundami? Shuning bilan bu bir tashkilotninki liderlar yana bir tashkilotning lideri o'tirsa hech aloqa yo'q. Bular hattoki dushman nimasi keladiki, munozir yo'q hattoki bular o'tirsa. Qanday qilamiz deb o'rtaq bir manfaat yoki o'rtaq bir krizis yuz bergan vaqtda bular o'tirsa odat dialog emas, munozir emas, hech qanday bir aloqa yo'q. Demak, bu yerda bizning qilayotgan ishlarimizda hech bir demokratiya ubudani demak, munozira kulturining bo'lmasligi bizda cho degan vaqtda oqisdan pichoq urish, namsiz yo'llar bilan zarba berish, faqat o'zida tutib olgan odamlarni oqisdan shu o'rta asr bo'yicha menish, shu bir necha odamni hammadan yig'ib olibcha atrofiga. Mushkul shaklda bo'ladi, lekin o'tirg'i chiqib, mening degan o'zining qarashlarini o'tirg'i qo'yib, uni hal qiladigan nima yo'q. Shuning uchun bizda nurg'un masalalar hal bo'lmay tashlanib qoladi. Masalan, deyli, üst birlikmi agar bu yerda munozara uch yo'ruq bir so'zlish bo'lmasa, bu qolib qoladi artistlar. Mayli bu hamkorlik bo'lsin yoki birlik bo'lsin, bu deyilish kerak. Qo'shnimizda qolmaslik kerak. Yezib o'ba qilgandan albatta yezishim kerak. Buni men chetga qo'ymayman. Ammo o'tirib chiqib so'ziga vaqtimizda uning gapini anglaydimi xalq? Uning gapini anglaydi, uning ichidan o'zininki to'g'ri deb qaragan narsani tanlaydi. Ne saylamda bunda bir holat yo'q, ne saylamdan keyin beshimizga kun tushganda bunda bir holat yo'q. Hammamiz g'utuldaymiz, oqisini gap qilamiz, pichoq uramiz, nima qilamiz, lekin o'tirg'a ya kishidak ya ayol kishidakday
o'ttirg'i chiqib o'zimizningki maydonni bildirib, ma xalqqa oshib o'zimizningki nimani da'vatqanligimiz, nimani qo'g'irishayotganligimizni ochiq bildirdi. Bu nimani bildirdi degan eng oxirida xalqqa ishonmaslik emas, xalqni aldash bu. Xalqqa so'zini diyamagan odamni, xalqqa o'ttirg'i chiqib, xalqqa yetaklaymagan odamni xalq aslidan oqsa maqmaslik kerak. Qo'llamaslik kerak. Nima uchun qo'llaydi buni? Ya bilmasak uningki nimasini, kun tartibini qanday planla bog'liqini. Bu to'g'risida men sizdan chiqara so'zlaydigan qilaman. Men to'g'risida to'xtay o'zimni salohiyatiga qaytay. Ko'p rahmat. Hamda sizdan bo'lgan oxirgi bir savolim. Bayatınki ve müşahede edepsizlik olgan oldu. Sever Qo'sh. Arlıqlıda aslida programma. Del muşnaqda siz qanday qaraysiz? Siz şu. Bu şekilde bo'lgan bo'lsa, bek yaxshilab meni fultib qo'ymay. Ahmadjon, sizning bir tajribangizni bir anglaylik bu yerda. Bayatınki sizlar o'tirganlarda deyishgan gaplardan men bir qancha masalani suzib qo'ydim. Faqat yezib shaklda qo'ydim. Birinchidan aslidagi konuga qaytanmayman, aslidagi temaga, lekin medyada men mas'uliyat degan vaqtimizda xalqimizni kichik balaga o'xshatsak, nimaga amroq bo'lsa shuni berib o'zimizga jalb qilishning yo'lini tutish mas'uliyatsizlik deb qarayman. Xuddi bu kemptga amroq bo'lsa, bolalarga uni berish orqali jimi fushoq bolalar bizning keyimizni o'g'ib yurgan bilan amaliyotda onlarga bedeniga shu ziyonliq. Shunga ba'zan kemput emas, dori yoki ochiq narsa berishga to'g'ri keladi. Bu jihatda men boshqacha qarashda. Ikkinchidan qo'yni qassob so'ysin degan so'zga yig'inchoqlab qo'ydim bir so'zni. U nima deganda, mana shu hozir YouTube'lar va yoki YouTube'da shaxsiy aytayotgan yoki boshqa ekranlar orqali o'zlariningki ilmini taqdim qarindoshlarga men qarshi emas, lekin qo'llash masalasidan har kim o'zining bilgan ishini qilgan bo'lsa, hozirgidan jiqroq unumga erishadi degan fikrninki ana nimasi bo'lgan, qo'yni qassob so'ysin uslubidagi bu fikrni yoqlayman. Ya'ni bugun bir olim yoki bo'lmasa bir ziyoli kishi o'zining fikrlarini chiqib videoga tortib, anikin uni xalqimizla o'rtoqlashdi deyli. Shu odamning aslidagi ani fikrini o'ttirib qo'yalganining o'zi cho'ng shuningki olimligi. Ammo qo'shimcha moddalarga kirishi u uningki asli assistentlarning, ya'ni yordamchilarning qilgan ishi edi. U odamga video tanlash, yasash va boshqa ishlarga ketgan vaqtning o'zini yana bir maqolaga ishlatgan bo'lsa, xalqimiz taxim ko'p unumga erishadi deb qarayman. Onun için bunu tavsiye qildim qarindoshlarga. Her kim yani o'zining ishini qilgan bo'lsa, men chet elda bir doktorning necha assistenti bor. Bir doktorning 1 soatlikka bir doktor deydi, bir doktorning 1 soatlikka 100 euro bo'lsa, bir assistent yani yordamchiga katibga 20 ya 30 dollar bersa 1 soatlikka odamdan oshirib qiladi ashning ishini. Men doktorni qilolmaydi hatto. Lekin vaqtni uftudu, pulni uftudu, her jihatdan sifatni uftudu. Ondan ekran xizmatininki keyingi kunlarda butun tashkilotlarninki bas-bas bilan buningga yonishib ketishida bir o'ziga besim paydo bo'ldi qarindoshlarning. Chunki qilayotgan ishi qaragan chog'da ekran xizmatininki ko'z jalb qilarligi va insonning eng ko'p izlanadigan tutilishadigan beshi taqshadigan bir material bo'lib qolganlik uchun kunimizda qolaylik taraflari bilan mushi sohadimi o'zininki markalarining mingishi va yoki izining bo'lishini istaganlik bir besimdan paydo bo'lgan izdinish deb qarayman. Andan keyin oxirgi oyog'i chiqmaydigan bu cho'ng bilganlarimizningki biz ergishayotgan lider qatorliq deb atalgan har xil shaxslarning kollektivning va yoki bir jamiyatning ko'pincha ziddiyatlarini men bola vaqtlarimdagi bir narsaga tatbiqlaydiganga qanoatim oshdi. Yani kichik vaqtlarimizda anglaydigan to'qmish cho'nglardan zamanni tushunay desang, qozonning qaynashiga vaqt bolalarning o'ynashiga degan bir jumla so'z bor edi. Mush so'zni men haqiqatan amaliyatimda bekchiq tatbiq qildim, bekchiq topdim. Misalan, bugun munoziraga kelinmay, hammasi o'zining do'nglarida, o'zining egizligida turib olib so'zlayotganlar nimaga o'xshaydi desa, kichik vaqtimizda o'ynaydik, kim kuchliq deydik, do'nglarga chiqib olib, ishni tutib hammasini. Bir do'ngda
chiqib hammasini ishlatib faqat bozak olmay ching turvaga qanday qilsa tashlab deb mana adem ko'rib o'ynaymiz deb buni yolg'iz tashlab ketdik. Andan keyin o'ynatqaya kelib bilan men o'ynasam o'ynag'uloq bo'lmasa buzg'uloq deydik. Mushning o'xshash men sanab kelsam bekchiq bo'lishi mumkin. Lekin yani biz qilgan o'yinib cho'ng qilgan uyallarımızdan ichidan chiqolmoqlik bizda deb o'ylayman men. Bütün liderlerimizden tortib o'sha boshchilarimizgacha. Yani tahrircha bala holatida ketyapmiz psixikamiz. Endi üst birlik haqida oxirida so'z bo'ldi. Üst birlikni fikrlarini asosan 3-4 bitta 5-4 program qilish jarayonida mening his qilganim üst birlik biz necha vaqtga an'anaviy shaklda tushunib kelayotgan birlashish emas. Birlik hosil qilish, ya'ni hamkorlik, ittifoqlik qatorliqlardan mujassamlangan tashkilotlarning hammasi davlat miqyosidagi so'z qilmoqchi bo'lgan chog'da birlik kelish. Vatan millatning o'rtaq ovozi shakldagi salohiyatni qozonishda birlik kelish bu. Boshqa ishlar shu bitta o'zbek ketaverdi, mingaverdi. Uni buni qitish, ustini qitiq elishtirish degan gap yo'q. Shu mushijatni, shu tushunchani o'rtaqlashib qo'y deb o'yladim. Yılan tutsuzgan bolsam qabul manglar. Şimdi kelgan. Yo'q, ko'p rahmat. Bo'ldi. Men oxirgi bir savolni so'ray Hüseyin Tejalli efendim. Siz bilasiz bu shu sizningki mayli da'vatchiligingiz bo'lsin, mayli chet elda keyin chiqqandan keyingi barliq faoliyatlaringizning tukki bir negizi bir maqsadi xalqimizni tarbiyalash bo'ldi. Bu tarbiyalashda siz nurg'un odamlar bilan bo'lib yaqin sizningki shu mustaqil media ishlaringizda nurg'un olimlar bilan jamoat arboblar bilan ya boshqa sohadagilar bilan nurg'un qatim ko'rishdingiz va hamma maqsaddan birisi xalqimizni tarbiyalash. Endi bu yerda nachar so'zlashim bo'ldi, yaxshi so'zlashim bo'ldi, ajoyib esil so'zlashim bo'ldi qatorliqlarda. Endi mening savolimda bir uchta savol bor bu yerda. Birinchisi xalqimiz sizningki bir tushunchangizni qiziqdim degan. Xalqimiz yaxshi yomonni ko'radigan bir chechan bir ko'zga ega dedingiz. Xalqimiz sizning deganingizcha haqiqatan bu so'zlagan nasldan o'ziga kerakli naslni ola oladimi? Endi keyin nachalik yoki bizchilik bir gap bor, kichik vaqtimiz shaklni tashiydi, meg'izni qabul qilish deydigan. Ashunda meg'izni qabul qilish bo'ldimi? Bu bo'lgan bo'lsa buni siz qanday bildingiz masala? Sizningki mushu xalqni ta'lim tarbiya berish ishingiz haqiqatan siz o'ylaganingizdak shu unumga yetdimi? Buni qanday qaraysiz? Endi Ahmadjon sizmi tayyorlab qilgan agar javobingiz bo'lib qolsa buni qisqa bir qisqa o'tasiz. Hüseyin Tejalli efendimning javobini keyin. Bo'ladi, qani. Xo'sh efendim. Rahmat. Albatta bir suhbat bo'lgandan keyin bir suhbatni qurashtiramiz biz. U kishi bilan ko'rishimiz, vaqtni belgilaymiz. Undan keyin savolni ba'zi chiqaramiz, ba'zida shaxsan men ulgurmay qolgan vaqtlarimiz bo'ladi. Suhbat qilamiz. Vaqtni 1 soat belgilaymiz, ba'zi 1,5 soat, 2 soat olur degandek. Shu shaklda suhbat tugaydi. Suhbat jarayonida har xil odamlar har xil fikrlarni yozadi. %70-80% Allah razı olsun, rahmet, yaxshi oldu degan narsani biz inkoslarda ko'ramiz. %10% voy bu mandami deb qarshi chiqqanlar bo'ladi, u tabiiy ahvol. Undan keyin har qatimliq suhbatda shu maxsus kelib pishni teriydiganlar bo'ladi, balki Xitoyning odam bo'lishi mumkin, bilmaymiz. Uni aniq faktimiz yo'q. Bu şekilde 100%lik bir suhbatning ichida shu 170 men shaxsan qarindoshlik studiyasi %70-80% qarşılanıp başkalarınınki doğasına erişip kilovatımız elbette her bir sohbetini her bir adam özgücü düşündü ki bir adam bir cümle sözünü kıygan olsa bizim çoğu çekildim batığı bir adam muşunu tanıtırken birisi vezir bir kıl düşünüp padişah bir kıl düşünüp yani birisi bir kıl düşünüp okşaş pilninki putunu silgalı bir kıl bunun silgalı bir kıl düşünüp okşaş bu sohbetnama kişiler bazı cümlelerini aşında düşünüp alır iken her kıl fikirler kildi her xil so'zlar keldi. Umuman biz xalqqa bir yaxshi ta'sir berdik deb qarayman. Shaxsan men to'g'ri bir shaklda elib beryapmiz deb qarayman. Bir suhbatning javobi 3 xil chiqdi. Birisi suhbatni elib boramiz, undan keyin darhol bunga inkos keldi. Inkosdan biz bu suhbatning yaxshi yomon bo'lganligini bilalaymiz. Masalan, buning yarqin misoli Abdulla Ayub efendim bilan shu Ali Akbar Damullajining ikromini chiqarganda men manda o'ylabdim. Kallamchi. Bir ziyoli bir dindar. Bu ishkelarning fikri o'xshamasligiga bor.
ikkilan bir-biri qarshi mush etishgan yoki fikr o'tirib qo'yishgan. Ikkironga kelsinki, ikkironning keyinda bo'lmasin bu gap. Chunki xalq degan ajoyib datalash u vaqtda deb ikkironga chiqardim. Ikkironga chiqargandan keyin xalqning bergan buning javobi nima bo'ldi desa, sizlar necha kun yapib bo'layotgan pishnini o'tirg'i chiqarib. Ikkironga chiqarib nima ish qilmoqchi, buni kuchaytmoqchi degan narsa bo'ldi. Mening o'yim avu, xalqning o'yi mavu bir qismimi. Ondan keyin ular munozirlashdi. Ondan keyin suhbat tugadi. Ikkinchi natija o'tirg'i chiqdi. Dindar kesimdagilar yoki biroz dindorroq kishilar sen Husayn Tajalli Abdulla Ayub taraf tutding dedi. Ziyali tarafdagilar bu sizlar dindor bo'lg'achqa Ali Akbar Damollam taraf tutdinglar dedi. Bu yerda mundaq bir masala bor. Bu taraf men shaxsan Alloh ustimda ko'rib turdi. Adil bo'lishga tirishdim bugungacha. Ham tirishim inshaalloh o'lib ketguncha. Ben aşta tiriştim, beni kim qanday o'ylab olmaydi. Ama kişiler bu sohbetten bir taraf ziyaliler tarafını aldı, bir taraf dindarlar tarafını aldı. İki tarafının oturdu, tayak yegenimiz biz olduk. Değil mi? Çünkü o halkın aslında tabir neme ekan buni desa, men taraf tutulmagan degan gapken. Yani Abdulla Ayubning gibi bu yerda xatoati Damollamning gibi to'g'ri edi deganlar va yoki Damollamning gibi to'g'ri edi Abdulla Ayubning xato deganlarning o'tirida biz reper olab mush bizga tegadi ekan bu yerda. Chunki u ishkalar sahndan tushib ketadi ekanda, chiroyli ikkiranni taqoblab uxlaydi. Chiroyli kelkitib. Ketib bo'lmamda. Ularning ishi tugadi, ammo xalq uxlamaydi ekan bu yerda, yozdi ekan. Ya aynaqa Uyg'urlardagilar arichaga 6 tayoq degan mana shu işte bu qoldi. Bu bir misal endi. Bunun tarafini ko'rdik. Bu davomli yuz berib turdi. Masalan, akademikni ziyorat qilgan vaqtimiz yana bir taraf qarshi chiqqan bo'ldi. Qurultayni ziyorat qilganmiz yana bir taraf qarshi chiqqan bo'ldi. Demakki, Uyg'ur mediasi Uyg'urcha bo'lishi kerak ekan. Ya'ni biz o siz degandek g'arb mediasida masalan bir muxbir chiqib Trumpni tanqidlayolmaydi. O'tganda biz tanqidlab chiqib ketdi Trumpni. Trump uni tanqidladi, qattiq gap qildi. Herkes ular mush etishib ketmadi, ammo ikkilisi xotirjamchu. Trumpmi o kecha vijdon azobi chekmaydi menimcha. Muxbirmi vijdon azobi chekmaydi bir-birini ranjitib qo'ygan. Chunki g'arb dunyosida shunday bir madaniyat bor ekan. O'ttirda deydi ekan, kiriblik sahobaga o'xshash, ammo Alloh rizolik uchun kechirib o'tdim deb qo'yibdi, jannatga kirib ekan-chu. Bunda bir ustun madaniyatni hosil qilibdi ma'rifati bularni. Biz bununla abaşlı degandek bunda kelishib tutdik. Men mi kechish qilmayotgan, Abdulla Ayub mi kechish qilmayotgan, Ali Akbar Damollam kechish qilmayotgan, xalq mi kechish qilmayotgan ki o'rtada iliq erkinlik yo'q. Ya'ni ya insonlar munozirlashadi, birisi to'g'ri gap qildi, birisi xato gap qildi. Yoki ikkilisining to'g'ri edi, yoki mening xatodir deydigan bir rohat bir narsani vujudga keltirguncha biz bir mezgil chiniqadigan o'xshaymiz yani. Onun için bir sohbetni tugatib, uning natijasini kishilar ko'rib qo'yibdi, tushib ketadi, anglab qo'yibdi, tushib ketadi, ammo biz bu yerda ba'zilar bilan kissachi kuch farqlashib ketamiz sohbatdan keyin. Gap manda bo'ldi, gap to'g'ri bo'ldi, gap xato bo'ldi. Ba'zida qilgan gapimizga voy gap xato bo'lib qoldi deymiz. Ammo bugungacha inshaalloh shaxsan men Ahmadjon albatta o'zining javobini o'zi beradi. Bugungacha üçüncü en mühim narsa nima desa, bir suhbatdan keyin bir odam xato tushunib oldi deydi. Bir odam chiqib, qarindishim sen ma gapni xato qilding. Nemish qilmanda xato sen xato qildingmi, men xato tushunib oldimmi degan narsa bizda ko'p bo'lmaganligi uchun biz xalqqa mo'jiq bu suhbatning hisobini bermadik. Ya'ni uning uchun kimning xato, kimning to'g'ri masalasida bu havoda qoldi. Jiq narsalarning javobi. Çünkü bunun 3. tədqiqatını qıldığanla oturuğa çıkmadı. Yani kila qırındışım. Mesela meni ma şekilde programma qıldı degenli olgan bolsa, qırındışım siz ma şekilde programma qılısızlar, men bir ikiranga kelay. Nima uchun mushta gap qilasiz zodi? Nima uchun mushta savol so'raysizlar? Deb meni bir gap qilmoqlik uchun men bu ichimga yoshirib uni o'zimni ifodalaymay ketaverdim. Xalqni o'tirib qo'yamidi?
İşkiranda bizning g'alaba qilinmayotgan narsamiz ochiq yo'riqlik, demokratiya, erkinlik. Yani demokratiya desek endi ba'zilar kafirga chiqib o'tmasin-da. Erkinlik yuz bermedi İşkiranda. Ama İşkirandan keyinde her adam erkin, her adam alim, her adam siyasetçi, her adam bilermen, yazılı güldür, ağzımızda g'alaba, qarab g'alaba. İslam ahlakına doğru gelmegen şekilde bu bazanı Xitay şu çilikni ötküzüp halkınınki bunu var. İkisi var Xitayның içinde. Şunlarla Facebook'ta taşlap koyduk. Hak onun kendinden ketiyordu gap. Bu şekilde devam kılavatırdı. Ama bunu inşallah yakında düzleyimiz dep oyladım. Yani inşallah Uygurca medya bu şekilde terakki kıldığa okşaydı dep qarayman. Rahmet. Rahmet. Avo men Ahmetcandan keyin so'z taklif qilishni berib bir narsani qaytib o'tay. Ash abi biz davatgan bir narsalikqa havoda qilish degan gapchu. Nurg'un narsalar so'zlashayotgan vaqtida hal olmaydi. Chunki ya qaydaymiz, ya chidamaymiz, ya nimani sandan chiqdimiz, chaponni selib chiqdimiz qatorliqlarda, ya u ish bo'lib bo'lgandan keyin u ikki taraf bir yakaptir, mendan nima o'tdi, sendan nima, ya sen nimadan, men nimadan deyilmaydi. Shu nurg'un narsalar Değilgine takma, değilgine gibin davatımız oturup çıkıp münazirası davatkanı gibin davatımız o nait az persen diyenleydi. Bu şimdi ahvalda da hem neyse şöyle karmakka değişken de kıymızdan emniyete değişkenin içinde değişken var hem diyen maksat yetmeyimiz el olmaydı içimizde keleberdi oğumuzda kaynattı düşmanlık keyfiyatı tügümeyden demiş adamlar. Normal akli hem özümüzde pezzetli bir tolgan şekilde elip berdiğen münazir ahlakı özüra diyaloglaş ahlakı bulmaganlık için mana muş mesele hazırlıkça el olmadı. Bu seninki kelgüsü hizmetinladı ki bu mening bilgenimde çoğun bir hırsından birisi iken. Hoş Ahmetcan sizin qanday tecrübeleriniz ve qanday qarashlarınız var buna nispeten? Aslında bu bizning millatning hozir qilayotganlarimiz bizning milliy mustaqilligimiz yo'lidagi bir izdinish. Ammo bizning o'qiyotgan sohadagilardan tortib ishlayotgan sohadagilarning hammasining faqat yashash ilmini o'rgandi. Xitoyning yordami bilan, qo'llashlari bilan va yoki uning qarshi turgan holatimi diniy sohada o'qigan qarindoshlarimi buyuk islomning ro'naq tepishi va ummatchilik nazariyasi bilan bilim oldi, shuning ichida erib ketdi. Bu millat yo'q, millatning vatani yo'q. Fikrimizda, tushunchimizda, hayotimizda bu milliy mustaqilligimizningki nimasiga haq berilmadi. Va hozirga qadar mustaqillik yo'lida fikr talashib, urushib qolgan ikki do'stning hikoyasini anglab boqmadim. Ammo kichikgina biz talashib turib buzilib ketgan uy o'choqlarimizni anglaymiz. Dost birodarlarimizning orasini buzilib ketganini anglab turyapmiz. Bundan qaragan chog'da biz daha mustaqillik yo'liga qadam bosmadik. Mushundaq bo'lganligi uchun mening qarashimda mush media bugun mush jihatda bayroqtar rolini o'ynadi mush mustaqil media. Ammo ilgari 8 yil Radikal Radio'sida ishlab insonlardan reportaj uchun bir inkos ololmaydigan musibatlarni beshimdan kechirganligim uchun insonlardan o kadar dilim, rahim yongan. Mush sahagimi desishimizga Husanjon qilishimizniki hamda himmat qilishi bilan bizni biroz rag'batlandik hisobda, biroz to'xtabdi. Balkim ani qilmagan bilan haqmani qiladi. Ham ikkinchisi burun media radioda ishlagan vaqtimizda haq olgan bo'lsak, haqsiz bo'lgan keyin texnik tilimiz uzun bo'ldi-da. Mushta tarafdan biz bunga tirishdik. Eng muhimi asli vazifamiz mush mustaqillik uchun qanday qila olamiz degan izlanishlarimizni biz kechdik bu yo'lda. Chunki beshimizda biz ko'tarmasak bo'lmaydigan tashkilot yo'q. Ko'tarmasak bo'lmaydigan shaxs yo'q. Yoki boshqa bir fikrning qulchiligi yo'q. Biz faqat maqsad muddada vatan millatga nima foydali bor, kimda qanchalik foyda bo'lsa shuni ekilla deb ba'zan set gap qilib to'g'inin poqiga desab o'ttamay tuxumlam ilib yenib keldi degan shaklda iboralar bilan javob bergan bo'ldim. Endi biz bu yo'lni yangi o'rganganligimiz uchun mushu sohada o'qigan, professor bo'lgan, doktor bo'lgan, mushu sohada dunyoning har qaysi yerlarida ishlayotgan qarindoshlarimizning bir ig'iz olsin bizga bir dar qarmoq hisobida tuz desam mabakji qo'kdi-da. Bir azroq olsun bir tetik silib, qarindishim sal o'ng'a, sal solga.
mandarak degan gapni az anladık. Bek az qarindoshlarimiz. Ularni bir uchini azroq chiqarib qo'yib, 5 sant bergan yerda 10 sant oshirib o'rinlagandan keyin bularni tashlab etdi bizni. Bek eshib kelsa bizning ko'zimizga qaralmasin dedim. Mudoq tashlab etdi. Endi buyda bo'lganlik uchun bu sohada bizning mangan yo'limiz asli bu mustaqillikning bir parchasi edi. Mustaqillik yo'limizning bir parchasi edi. Ammo buni to'g'ri tushunishlar bo'lmadi. Ikkinchisi bütün teşkilat veya ki vazifeler qarindoshlarimizning hammasi xuddi men radioda beshimizdan kechirgandek bir musibat, mushkulotning ichidan bugungi nuqtaga kelgan. Shun ular qattiq horg'in. Yana beshini egiz ko'tarib, yana bir narsa uchun himmat qilishga yetish bilan ma'vatgan mashg'ulotlar ko'p. Charchash ig'ir. Uningdan boshqa eng muhimi xalqqa bularni ko'p dag'da qo'ydi xalq. Mana shu kamp chiqishdan oldikayinda Muş biz yaşayotgan devletde biz sanaqlıq 10-15 adam qaldık. Biz ertegen balalarımızdan kim bilen toy qilib, kimlerden qudvajlaşamayız deb öydikilerden g'amiga vaqtlarımız bo'lgan. Adamlarning hammasi o kadar Xitoyga mishada turib, taslimalar bayroqni chiqarib yurganlikin adamlarning odamiylik nuqtasidan uzoqlashib ketganligiga qarab turib, dilimiz nima qilgan bo'ldi. Sungan bo'ldi. Onun uchun hamda bu teşkilatlarning bugungi nuqtaga kelishi oson emas. Dialog chiqarmasligi, munozaralashmasligi va vatan uchun yana xalq bir ish qilish uchun bugungi kunlikda 2 yildan beri o'tirib chiqqan musibatdan keyin qahramonlarga aylanganlarning dag'dug'isi bilan bo'ronlar bilan uchuqidek holati yo'q. Ularning bir taraxchisi yo'qolib ketganligini teşkilatlarning ko'pinchisi sinovdan o'tkazdi. Şuna nurg'un qarindoshlarimiz ertaga daha yo'llar ochilsa, qaysini nerede topamiz? Vallahi alam. Bu bir sir. Uni vaqt araydi. Endi shu munozirga kiranmaslik masalasida shu ishni boshlagan, ya'ni munozirga bugun taklif qilingan mas'uliyat yuklandi, shu vazifasi va ya majburiyati bor deb qaragan qarindoshlarimizning bugun salohiyati kelishda hech kim qo'lini tutmagan, xuddi bizning qo'limizni tutmagandek. Shuni mudirib yurib, bugungi nuqtaga kelgan. Shunda o'g'ashqa munozirga chiqqidek bilim seviye jihatda ma hozir bakoyatga odam bilan takalishib o'tdik. Birinchidan vaqt yo'q, ikkinchidan ilmi yo'q. Shu munozirlashanmaydi, munozirga chiqolmaydi degan nima deymiz endi qanoatda. Men ashu abay to'liqlagan gapim shunchalik endi. Endi men sizningki shaxsiy savolingizni kelish vaqti keldi. Anadan ashu men sizni bu savolingizni men abay siz degan bir nuqtaninki davomsiz so'rayman. Xo'sh. Siz meningki diqqatimni bir nuqtadan alayda bir tatdınız Ahmetcan. Yani siz o'qirmanlarga, ko'rurmanlarga o'zingizning programmangiz to'g'risida haqli va foydali fikrlarni berish to'g'risida nurg'un qatam murojaat chiqardingiz. Ben burun Facebook'ta bu vaqtlarimda bunu men ko'rgan. Kim menga hatta shaxsan menga dedingiz bu gapni. Ta hozir ishlab kelyapsiz. Mushundaq dedingiz, ba'zi chaqda bu talabingiz, bu iltijosingiz, hatta bu nidoyingizga quloq solganlar bo'ldi, bo'lmaganlar bo'ldi. Mushunda vaqtning o'zida mushu ko'rurmanlarga qarta ko'nglingizda qanday bir narsa shakllandi? Ya'ni bu texnikani kengaytsam, siz ko'rurmanlaringizga rozimi? Rozi bo'lsangiz nemishqa, rozi bo'lmasangiz ham nemishqa? Ben körülmelerimden razı olmaslık meselesi de o iş bakmadım. Razı olmaslık mı ötküzüp koyduğumuz yokken. Çünkü zorlap tanıvatımız zaten. Facebook'un asılan putluşup Tigo'da şuna köpünç qarındaşlarımız jıqılap ketdi deydi. Hatta ekranda jıq körüp ketkenlikinden seskinip ketken boluşu mümkün. Aşina bo'lib qolmaslik uchun pat bir chiroy almashib qolib qolgan deb ben ekranning orqadagi butun texnik yordamni men beray. Texnik jihatga g'amni sen qilma, programmani o'zing tepib, kim bilan aloqalashsang, qaysi xil programmani tutmoqchi bo'lsang, ismini nima qo'ymoqchi bo'lsang, mail xohlasang fidoylar ekranining nomidan, xohlasang o'zingning ekranining nomidan bir programni mangdig'in qarindashim, tilovoz qaysi til bo'lsin mayli degan shaklda murojaatlarni iltimoslarni, chaqiriqlarni, da'vatlarni qilib boqdim. Ammo buningga qarindoshlarimiz qilmadi. Chunki bu ish men fidoyilar ekrani degan sir fidoyi ekran bo'lib ketdi kishilarning nazarida. Mushu jihatdagi narsani men singdiramay kishilarga anglamaganligimni
Muşu mening eng yuragimni jiq siqqan narsa muşu oldu. Hatta ahir kunlarda men bir cümle sözge yig'inchoqladim. Kishilarning boshqalar haqidagi ko'z qarashi asli o'zining g'amining g'alyan ekan degan narsani men tariximga yozdim. Ya'ni buni hayotimning tajribalaridan o'rtoqlashgan bir tushuncha. Balkim xato bo'lib qolishi mumkin, inshaalloh xatodir. Lekin to'g'ri deb hozir qadar aqlimdan kelyapman. Ya'ni ko'pincha kishilar o'zi bilmagan narsalarga qilgan gumonida mushi ishni shu kishi qilgan bo'lsa, cho'qim shu maqsadda qilarkan degan narsalarni men qanoat topdim. Shunga kishilarning salbiy inkoslarga, bir narsalarga parvo qilmaydigan bo'ldim. Ilgirmi radioda ishlar qilgan vaqtimda Erkin Asiya radiosi Xitoyninki, Amerikaning CIA'ninki, Palampokin degan insonlarning yillar o'tgandan keyin almog'lab o'nlashgan chog'da o'zining o'z vaqtida shu muxbirlikqa kiraman deb kiranmaganlik hikoyalarini anglab o'z-o'zimga pichirlagan edim. Asli qo'l yetmagan shopillarni ochiq ekan. Shunga sen o'zingning yo'lda ketaver deydigan nima keldim. Qanoat keldim. Hem chet elda olsun, vatanda olsun, bana shu maktabdan masalan 91-yili maktabdan tashlab chiqib ketgan bo'lsam, 2000-yilga borgan chog'da falsafaga aloqador kitoblarni izlanish jarayonida boshlang'ich maktabda o'qigan Taychoqning daryodan o'tishi degan bir masalaning ajallik mohiyatini tushunib yetdim. Shundan e'tiboran o'zimning o'zligim haqida, xosligim haqida izlanishda bo'ldim. Boshqalarga selishtirib avorolmadim, agashmadim. Yani Taychoqning daryoda o'tishi degan masalani men bilamiz. Takrorlashimning hojati yo'q. Chet elda olsun, boshqa yerda olsun, mangan turgan yo'llarimizda boshqalar nima ish qilyotdi degandan bekrak men nima ish qila olmayman. Biri gul keltirar, yo'qib jivosh piyoz debdi ekan. Guli qaysi bu ishni? Agar uni qilolmasam, piyoz o'sini qilay deb vaqtimning eng bo'jaklarga piyozni, cho'qsig'i gulni ekilish uchun tirishchanlik ko'rsatib keldim. Endi ko'rganlarimizga hozirga qadar mening nima qilolmaganlarim ko'pinchisining menga salbiy qilgan gaplarning ko'pinchisiniki shu odamning ichida bir hasad borligini his qildim. Alloh buning darisi yo'q ekan, men bo'lmasa yordam qilay dedim. Onun biri hasadni ko'rdim. Ikkinchisi qamlashtirilmaganligimiz rost. Ama bu yolda bizim bir izlenguchi. Hem bizden mi bek qamlashtirilgan odamlarni saqlab vaqtda ulardan bir inkos ko'rmadikcha. Mo'shdan qarab turib bizmi bo'pti, haq desi da'vason biz ketaverli degan hisobda mangdik. Yana bir muhim masala bugungi kunlikda bir ekranning bir programma bilan başlanıp ayaklaşışı aralıkta meyli xalqarалық media olsun, meyli başka medyalar olsun. Baştan ayak bir adam başkurduğun bunda bir süpetik ekran yok. Her qanday bilan başlaştırsak, soqaştırsak buludu. Bu hatta bizni ba'zan CNN başkalarının muxbirleri bilan aşağıya qo'ygan talablarni qo'yib ketadi. Kulib ketaman. Muxbirga shu qadar maoshni berib, cho'rsigan ishak yordamchilarni qo'ydi. Keyinda qanchalik texnika va qandaq sharoit nimalarda qilib bordi, bu narsani ularda tushunmaydi ekan. Biz az 40 odam ishlaydi. Tushunib mang'olligimiz uchun kulib ketamiz. Ashulardan silishtirgan holatga kelgan bo'lsak, Alloh shukr. Deb bumi bizga bir qanoat, kuch oldi. Eng muhimi bizning hozir chiqimimiz ajoyib yengil. Mush ishga nisbatan chiqimimiz ajoyib yengilki, bizni yana eng o'chkirgan odamlarning birisi, bir to'pi mush sahadan nantifiyatga ayon kashlar. Men shuni deyalarim. Shuning uchun biz xalqimizning oldida hech qanday bir nimamiz yo'q deb qarayman. Albatta ufratamizlar, ufratimiz. Dadinglar bormi? Bor. Yig'ringlar qanchalik bor. İçimizga yitiqni kiyib turib, teshimizni paqirtib kiyib chiqib, assalomu alaykum davatimiz. İçimiz qon yig'latimiz, lekin kulib turib xalqimizga muomala qilyapmiz. Biz bugungi kunlikda asosan ekranlarimizda xalqimiz bilan uchrashadigan bo'lganligimiz uchun didorimizni sulg'un, tushkun holatda ko'rsatmaslik, taxmin jushqun, jangovar shaklda ko'ringan bir ruhni yetildirishga tirishyapmiz deb qarayman. Bilmedim cevap çıktı mı? Başka savollar o'tsak bo'ladi agar nim bo'lmasa. Hüseyin. Ahmetcan'ın bo'lib shu bir adam o'tirib, bir adam boshquradigan ovoz, taqtish, undan keyin surat,
o iş xat çek, aytçıga yazgan bütün xatni yazıp oturduğun gap mesela. Hemen özümüz kılımız. Hatta en muhimi programma kirişten aldı çarşaf olumuz bizce. Mesela karşı tarafına manda tüz ottasla, manda ottasla, ayağın karısla vay manda kımız inmeklerden yukarı kısla. Tabi xudu bir adam resim tushganda operatsiya deydi o. Ashta degandan keyin kelgan gap bo'lmas, ba'zilar bir şey yo'g'on chiqadigan gap, ba'zilar urug' chiqib qolgan gap. Ashta deb yurib yarim soat ekranning orqida uni tayyor qilib o'tkish orliqlam yerib ketib qolamiz-ku biz. Shaxsan men ashta bo'lib qoldim. Undan keyin programmani boshlagandan keyin andin savol so'raydigan gap, uni qarta nim qiladigan gap, uni ta'qib qiladigan gap boshqa hech kim, ya'ni ikkinchi bir shaxs shaxsan mening yoki Ahmadjonning ekraniga sirtdan bosh qo'ymaydi. Bosh qo'ymagandan keyin biz hozir masalan ba'zilar deydi beshingizni qashlamang deydi. Ba'zilar deydi tükugimiz keldi, mishqig'imiz keldi. Ba'zi qo'saq og'rib ketib, masalan mening programma tariximda bir qatim naq maydon qilib qo'sqam og'rib ketib, o'rniga kirib chiqqanman-ku. Shu limonni tashlab qo'yiblar. Amal yo'q chunki. Unda avval yuz berdi. Normalde televiziyadagi riyosatchilar bizdan ko'p harakat qiladi. Yoki bizdan ko'p xato gap qilishi mumkin yoki bizdan shubhasiz o'ltirdi desizlar. Ammo uni kesib, chaplab, uning beshini qashlagan, xato gap qilgan hamma yerlarni kesib elib o'tdi. Bizning yana bir alohidligimiz naq maydon dilida hammish. U xatolikni kesib chiqara olmaydi bizdan. Bir programmada bir og'iz gap xato bo'lsa, ay programmani ya taqib etishimiz kerak. Biz butunlay hech kimga mumkin emas. Onu kesip iletiş imkaniyetimiz yok bizim. O programın kim kesip iletip montaj kılıp yani kayıtdan koymayız ki hiçbir zaman. Ay bir çık etti bu kişiler saklı oldu. Hoş. Ben bak kiçikin gap ketip koymadı. 2009 yıl 7. ayının 5. günden keyin vatandagi bütün torbetler taqalgan çağda vatan sirtidagi nurg'un baranglarning qo'ng'aychilib qolgan. Torbetlarning şu. Yani ish qilyapman deyotganlarning ko'pinchisining barangining tigi ichilib qolgan. Bu qitim koronavirus sababından bütün medyalarning naq maydonga berib media qilish sharoiti bo'lmagandan keyin bizda aytgan ko'pincha medyalarning aktivistleri yani talabchan kişileri öz aldığı naq maydon programını qilib baxtı. Yaqinqi mush 2-3 ay ichida elib berilgan programlarni sübtib qarasaqmi biz yani yüzümüzün yorug'ligini his qila olamiz. Bunun bir qarindoshlar izlang'ichlar bo'lsa qarab baxsi bo'ldi. Rahmet. Endi Ahmetcan ahirgi savol. Oldi bilan sizga anadagi Hüseyin Tecelli efendim qassa qarshi olaman. Iqtisod to'g'ri so'zlashlar hamda sizlarning yana bir ortiqchiliginglar iqtisodiy jihatda o'z-o'zinglarni qo'linglarningki yetishicha, qurbonlarning yetishicha kapolatlandirish. Sizlar birisini qo'lga qapqanmadinglar, shuning uchun birisini gapini qilmaysizlar. Mustaqilliginglar o'zinglarningki, fikirdagi mustaqilliginglar ma'lum jihatda iqtisodiy mustaqilliginglardan kelgan. Şunaqo? Mush jihatdan elib o'tgan vaqtda mush iqtisodiy munosabatlar bilan mush medianing munosabatida bunday inchik munosabatchi bu. Qandaq narsalarni beshinglardan o'tdi va nimalarni tavsiya qilasizlar mush jihatda? Hoş Ahmetcan. Ahmetcan. Mening nimqig'idek tavsiya qilg'idek manbayim yo'q. Buni yotini elib şu başka yer çaplaydigan, işledigan iş. Ben 2006 yıl başladım bu işin dedim. Ben halkımızga bu şu nereye to'g'ri kelsa şu bir program bo'lib, agar bir sistem bo'lib. Şu sistemaga tushsam, digital vint olsam bo'lay. Mayli. Ben razı olay. Hatta ömrüm boyu ishdan teshig'i chiqaman demayman, tomdan nonni otildirib tashlab etsam mayli, tashlab bersam. Ashunday hayot yashasam yashay, mush soat bir ish qilay deb ba'zan qarindoshlarni, ba'zan mush millatning istiqboli kuyunda yo'li bor degan qarindoshlarni izlagan vaqtlarim bo'lgan. Ama bundaq bir sistema yo'q ekan. Men 2006 yılı chiqib so'rgan savolni hozirmi ham vatandan yangi chiqqan bir qarindoshlar bo'lsa, atrofimizdagilardan so'rayotganligini anglayapmiz. Men benim o'zimni bir beg'ishlasam, bir sistem bo'lsa, bir proje bo'lsa desa, yo'q, chiqmag'liq. Men gapimni qochirdim. Asli savol nima edi? İqtisod bilan siz bo'layotgan iqtisod. Yani 2006 yıldan başlap men bu sahada mangan bo'lsam, erishganlarimdan beg'ishlaganlarim jiq. Faqat shu naq maydon programmasi boshlashdan oldin ikki kompyuter keyin-keyin ko'yib ketdi.
Benim esli kompüterim böyle konu üsluptaki programlarının projesi için yasalgan bir kompüter olab, buna neye okşatış mümkünse dizel motorluk maşinalara okşatış mümkün. Özü iği mağalıgan güçlük. Ama Nahmeden programmaları çoğudsa bu yengil, tiz mağalıgan buluş lazımken. Yani benzin maşina ulaş gerekken. Ben onu bununla sağgan denken, şu kompüterde işte neme şekil olab, özüm ağan 1000 euroga ikinci koldan ağan kompüterini, ajna kompüterden iki tanesi AKK'dan köydi. Yani musibet her xil şekilde keldi. En üzülgen vaxtımda muşnağından boldu qılınlar, bir taşlatınlar, balanlı var, uyanlı var, dep öz-özemge bəzən pişirlap, içim en kanap, en iğir gün yaşağı vaxtlarımda Allah yani bir yerden yeni bir sevirini ulaştırıp geldi. Bazen bu sevirler çişimden kiri oldu, bazıları karındaşlarımızdan az dolu himmetleri oldu. Bu ikranla başlaştım, ben qəzden başladım. Qəzimli aralıqda bir karındaşlarımızdan halis yardımıyla tüketken oldum. Yılda yani muş işine asas qıqalığımız için ben müstakillikə full time iş qılmamadım. Bütün günlük iş qılmamadım. Ama bir işini izlesem mi, muş işi qıyın olan olmamda dep durup izledim. Ayna bağlılık için başka işini tapamadım, estağfurullah. Kılat karşım yerim günlük iş. Bunun bilen ben günlükünde müşahedeki en minimum hayatqa ulaştırıp ketyapman. Ama muşnunga da başka bir bu kılatqa işimizni bir adam pulga köymeydi, aylık bedel төлeydigan bizning qo'llovchilarimiz qarimniki qanday fuqmayman o'sanjannikini. Mening yo'q. Men hozircha eng ko'p yordam qilayotgani ahlim, ya'ni oilam. Do'stlardan torda boshqa yerlardan ancha-muncha plan programmalar haqida yordam qilib maslahat yoki savol yoki talab fikrda bo'lganlar va ashulim biz uchun olamcha rahmat. Yani mush munosabatlar rahmat deyolay. Şumu çoğun yardım. Ama iqtisadi jihatda bizde bir manba yok. Menbi yok. Manba. Yaqindan şu manbani bir amonlik qilaylikmi deb o'ylasak, hozirga qadar bütün manbalar dasqon silish uslubida kepti. Bizning an'anaviy manbalarimiz dasqon silishni asos qilgan ekan. Bunda qilmay buni bir tijorat uslubiga yoki mablag' silish uslubidagi bizneslarga aylantirgani bo'lmamdi degan shakldagi izlanishlarda bo'lyapmiz. Ammo can az ekan. Inshaalloh bo'lib qolar oldimiz kunlarda. İnşallah. Agar bugungi kunlikda bir zarur to'g'ri gap qilib, haftalik, 2 haftalik ish var. Kunlik 10 soat ishlaysa, desa 2 haftalik ekranni taqab qo'yib 10 saat ishlashga ehtiyojimiz bor. Ama shunda ishmi yo'qolib ketdi keyingi kunlarda. Oydisini uqolmaydigan, keyin uray desam, uqolmaydigan bir telefon kelib qoldi. Elif deb apaqamdoq. Xitoyda bo'lgan bo'lsa yaxshi. Oxirgi chiqib qoldi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ben bir ikki yıl söz kılay degandim bulamganda. So'zlang. Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum Tajalli efendim. Ahmet Qashqarli efendim. Kinolarniki programmalarni ko'rib turibman. Mening necha vaqtman ya bir programmalarni yaxshi ishlatyapsizlar. Doim do'stlar. Ajringlarga Allah iki dünya ecri yazsın. Yani bina demek çok anlasam, bina yani bayan bir gapla kızı tonlaçı, havalıkı vakit meselesi doğrusu vakit yaman uzrak git vardı o da hem mümkünün ela efendim şuna dedi. Anladık ki mümkünün ela efendimi bugün size çıkanlarını ziyaret kılıştım evvel programının ki uğurlaştırışlarını mağlı kılıçtan yok desem ya bunu kendi gap koyar diyeceğim de planlık ne olsan geçkende bu mesleği ala efendim namuca. Dinalıkı teklifim bir yerde. Aşağı bir programda işleştim burun bir 5 ya 6 sual var kapsana ondan artık ne münasırsa kesiş yakşınikinde teklif vermedik. Belki çıkıp ketkenlikinde bunun kesinlikle kalayım tertipsiz, plansız halette bir uzrak gidiyordu bu çok.
mening onda deyishimsa to'g'ri tushuninglar meni taklifimni. Meni berma taklifim shu. Dastlabida savol chiqarganda bo'lsa biraz bir planlaydı. Ya qancha so'rasanglar shu savolga tushunib qilib, ondan keyin to'xtalib deb qilsanglar, menimcha yaxshiroq bo'larmidi degan taklif va yillarcha yomon jafo chekdinglar. Allah sizlardan razı olsun. Nayt boşup görmezdim. Xalq yaxshi ko'rdi sizlarning ishqalarni. Ma'q rahmat. Rahmat, ko'p rahmat. Rahmat deyiladi. Taş to'qmoq atlagandik. Qoldi, ishqinglardan shu opçu savollar oxirlashdi, xos savollar asosan oxirlashdi. Oxir iqtisod masalasiga Hüseyin Tejil efendim bir o'zining bir fikrini o'tirib qo'ysa, buni to'xtatsak, undan keyin mana ko'rmanlarning savoliga ozroq vaqt ajratsak. Qani. Mening derdim Ahmetcan'ın derdinden çoğun degandek. Bu jihatda derdimiz o'xshash. Ahmetcan bilan ishkalan Gollandiyada yashaymiz. Gollandiyaningki o'rtacha kishilik maoshi o'xshash. 1500 yevrodan 2000 yevrogacha normal kesib ishlayotganlar maoshi o'xshash bo'ladi. Eng tuvan turmush kafolat deb ilayotganlar 1300 yevrodan 1400 yevrogacha oladi. Mushu pul bilan biz kunimizni o'tkazamiz. Yani hem de bir misal alsam, bazıda biz mesela balalarımızla hep, yani balamla hep bir sırt çıkı tamak yiyiştim, mesleğet kıp kalımız hem de. O derecede ayda bir kıtım. Çünkü ma Avrupa'nın şaraitli kişilerde bir hata düşünce ba, emmeden bay, emmeden nimedef. Bir sosyal hayat ba, maşinası ba kişilerin normal yaşaydı ama da bayla ve azem bulab uygulanan içinde biraz ters. Hem bizler bulab mı, biraz tüven turmuş yaşayımız. Şunu bir yerde alayet dediyip nemkiyimiz yok yapının rastı çünkü onun da biraz işimizde bir nemi var. Ama nemi meselesiga mesela abim Ahmetcan degandek en tüven şekilde pul ketavatkanlık için biz bunu davamlaştıralatımız. Biz davamlaştıramayız bunu. Mesela ben şahsen ötken yılı her ayda 50-60 eurodan top pulunu oşuk төлep geldim. Normalde 140-150 euro төлeyimiz ayda. 200 eurodan. Yıl ahır 250 euro pul oşuk geldi. Azı benim aldığımda 4 tane 5 tane çırak var. Azı 120 watt etrafı çırak var benim aldığımda. 1200 watt değil ama çırakını koşkan. 1200 watt. 1200 watt çırak azı 2,5 saatten biri yeni watt'ı. Kişilerin hiç kadar hıyarlık gelmeydi bu topçu hazır. Bir misal. Onundan başka kompüterli buzuldu bu oldu. Ahmetcan'dan köyep geçip bizimki oğul kerip degende her xil işler yüz verip durdu eken. Yani bizni bugünküce bir maxsus bir organ yoki bir shaxs mapulni al, mashini tashla. Mesela Ahmetcan şoförlük qiladi. Meni belediyadan ancha-muncha Makkada opirib etizliqda u yerda sho'xli bilan qonga tegizdi mening uchun. Ish yurdi. Mecbur verip işleyemiz bu yani. Çünkü bizim başka maaşımız olmadan işlemesek, ular o pulni bermeydi biz için. Şunun için yığıncaqlab aytgan vaqtida men o'tgan yili bir projekt tuzdim. Uyg'ur naq maydon televiziyachiligidan satellite televiziyachiligigacha, ya'ni bir sun'iy amra televiziyachiligigacha bir nima tuzdim. Tuzib, tunji ishxonni barpo qilsak, kasblashish, maoshlashish va maaşlaşış, kesipleşiş, spesyal yani resmi terakkiyat mutaxassisleşme, specialization. Bununla bir proje tüzüp qilgandan keyin bir qarindishimiz ishxon e'lonlab buni tarakki qilsak balkim xalqimiz sizlarni qo'llashi mumkin dedi. Tamam dedik. Bir ishxon ilib 18 ay ishxonaga bir 2-3 qarindishimizning yordami bilan ijorasini to'lab oyda 5-600 euro su top va kaza internetini. Mesela biz normalde 50-60 euroluk internet işletimiz aydıma öyleninki lan mesela. Bir yerde 50-60 euro heli çoğun pul hem de. Mesela 60 euro 10 kilo göç birdi. Her bir taraplama çıkımımız cık. Ama yardımcı yok demeyimiz. Bir kırındışımız yardım verip yöyle geldi oldu şahsen meni. Şunu işxana çağladım, şunu onu mandıraladım. Ama halk umumyüzlük bu işini terakki kıldırıp bunu işxanlaştıraylı. Kesipleştireyli ve maaşlaştıraylı. İşxanlaşış, kesipleşiş, maaşlaşış degan bu üç narsani ishga oshirolmadik. Çünkü umumiy xalq bizga nima darding bor deb bugungacha shu Uyg'ur televiziyachiligi yoki programmachiligida nima darding bor deb asosan so'rab boqmadi. Asli buni baylar so'ragan bo'lsa, ana keyin birlashish nimasini maslahat qildi kishilar. Nima uchun Ahmetcan bilan birlashmaysiz dedi.
birleşiş için Ahmetcan bilan ikkilan birga kelishimiz kerak. Uyimiz birga kelishi kerak. Hech bo'lmagan bir ishxonaga kelishimiz kerak. Undaki ikkilan kunda mancha soat ishlashimiz kerak. Undaki mancha soat ishlagandan keyin bizning maoshni hukumat kesib o'tadi. Yani shu biz hukumatning maoshini olmaydigan bo'lib qolsak, cho'qim mustaqil ish qilishimiz kerak. Xalq bizga maosh berish kerak. Yani bu birlashish maosh bilan ishxona bilan bir qancha sharoitni o'tira etish bilan bo'ladi-ku bu yerda. Herkes Ahmetcan bilan ikkilan urushib qolganimiz yo'q bu yerda. Yoki ikkilan Bijmada, Qashqar Bijmada cho'ng bo'lgan bir iriqning suyini bir to'man daryosining lay suyini ichib cho'ng bo'lgan insonlar. Shu yani mijozimiz o'xshaydi, nimamiz o'xshaydi, fikr o'xshamasligi degan bu payg'ambarning ichidan bo'lgan u alayda yaxshi ahvol aslida. Yani xalq birlashinglar, qilinglar, etinglar degan bilan buningki shartlari, sabablari bor. Buni biz o'rinlayapmiz. Uning uchun bir yerga kelib ishxona qurib, ikkilan mancha soatni ishlaymiz degan narsa bizda bo'lib boqmadi. Shu hozir o'z fidokorligimiz bilan qilyapmiz inshaalloh. Shaxsan meningki mushadim men rahmat aytib olaman. 2-3 qarindishim masalan ishxona ilishimga, ijorasini to'lashimga, bir qancha kompyuter ilishimga yordam qildi. Hem hozir shu uyimni studio qilib ishxona o'tkazib o'tib, o'zimning cho'ng uyini studio qilib yasab nim qildim. Uningga butunlay o'zimning ichidan ishlaymiz nim qildim. Uni taraqqiy qildirish uchun shu bir programmani yaxshi chiqaraman. Mening hozir mikrofonim yo'q chunki. Mikrofon yo'qmi shu o'dil bevosita kompyuterga so'zlayman. Yani murojaat qildim. Facebook'ga murojaat qilib, men Ramazon jarayonida i'ona qiling deb chiqarib qo'ydim. Mana inshaalloh bir qancha qarindishimiz i'ona qilibdi. Men bu shaklni tanladim chunki meni boshqalar majburladi bunga. Sizlarga ham o'zimning vijdonim majburladi. Chunki men bir ishni puxta qilishni yaxshi ko'ramanki, ovoz yaxshi emas, hech qanday emas, yili ovoz qaytib qilayotgan, yili gaj-gaj, yili paj-posh bo'layotgan bo'lgandan keyin boshqalar meni nima ish qilib murojaat qilmaysizlar dedi. Bu şekilde kitabımız ama Ahmetcan diyendek bu bizge alaydı bir yerden ciddi maaşlaşıp iqtisadi jihatdan bunda qilinglar degan narsa yo'q. Bu iqtisodning masalasini nima ish chiqala uni bilmayman. Ya menimki chiqarganligimning sababi asosli sizlarningki fikr erkinliginglarningki kafolatchi iqtisodiy jihat erkin bo'lishinglarchi. Ya bir muassasasiga yoki ma'lum bir guruhga yoki ma'lum bir shaxslarga beqinib qolmasliklaring bir sababi bu sizlarningki mustaqil media bo'lishinglarning bir asosiy birisi shu. Ikkinchisi biz sizlarni ko'rib biz sizlarningki albatta havo yemaydiganliklarini bilamiz. Sizlarning bizga o'xshash odam ekanliklarini bilamiz. Hayotinglarningki bu qismini nazar sapaqili dedik. Xalqimiz mana bildi hayotinglarning qanday o'tayotganligini garchi Yevropada yashayotgan bo'lsanglar, ammo mush uchun o'zinglarning g'oyanglar uchun o'zinglar badal to'layotgan bir o'zinglar yaxshi ko'radigan butun hissiyotingni beg'ishtirgan bir ish uchun iqtisodiy jihatdan qanchalik badal to'layotganliginglarni bildik, ham boshqalarga ko'rmanlarga bildirdik. Maqsad shuki, maqsadim yetdim. Sizlardan bo'lgan savollar tugadi. Hamda ko'rmanlarningki savollariga kelaylik. Bo'lsa eng yaxshisi telefon basti yaxshi chunki hozir bu 230 necha nima chiqib ketdi, men o'qida ko'rmadim. Sizlarning fikrim, sizlarning so'zinglarni anglayman deb men yetishmaganmidim buningga. Men telefon bersin. Telefon bergin yaxshi anglayman. Qani hurmatli ko'rurmanlar, bizningki savollarimiz asosan oxirlash chiqarishimiz bilan albatta bu yerda sizlar kam qolgan savollar bo'lsa yoki o'zingizning yurak so'zlar bo'lsa, kelikinglar bo'lsa, har qanday bir so'zinglar bo'lsa, albatta hurmat asosida bu ikki qarindishimizdan hozir bo'lsa telefon orqali aloqalashsanglar deb qarshilamiz. Chunki yozgan bo'lsanglar buningga biz yetish bo'lmaymiz hozir. Shunga xapimma telefon bersanglar. Qani hozircha bir 15 minut sizlarningki savol so'rash vaqtinglar ajratildi. Qani marhamat. Bir telefon keldi. Xo'sh. Norvegiyadan Turg'unjon qarindishimiz uribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Boshlayapsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz Turg'unjon? Tajalli. Sizlar uchun ko'p rahmat. Bu programmani o'rnashtirilishi yaxshi bo'libdi. Meniki doktor Mehmet bin Alaeddin'den
Manda bir savalim var Ahmetcan bilan Hüseyincan Qarımga münasebetlik. Hoş. Savalni ma'lum dunyodagi o'rnishli bir odamning so'zini qaytaqroq yoki so'zni qisbekroq o'rnaga olishi mumkin. Uning uchun men 2004-yili Misrga borgan vaqtimda Yusuf Xizir deydigan bir bola universitetni tugatib magistr o'qiyotganken o bola bizning ishlarimizni qilib berish jarayonida sizlar nima uchun Yusuf Xizir deydi deb bir savol so'rab Haqnalam ishni qildigan bola ekan hamda o Yusuf Xizir deb hammamiz fuqada ma'lumlangan. Shu bola bir ig'iz gap qilgan. Misr Arab Cumhuriyetininki baş muftisi doktor Ali Cuma ben şu adamninki mektubida muhazir nemisida konferans yig'inida bir savol so'rsam shuni bilan sen nadin deb so'rabdi. Men Azhar universitetini tugatdim, diplomam bor qo'limda deb javob berdim. Savolga javob bermadi dedi. Ondan keyin doktor Ali Cuma Misr Arab Cumhuriyetininki baş muftisi. Senin qo'lingdagi diploma emas. Sen vataningga qaytib xalqingga xizmat qilgandan keyin xalqing sana universitet tugatdi deb bir unvonni berdi, diplom berdi. Buni andan keyin diploma deymiz deb degandi. Shuning uchun men dinimiz va millatimiz nuqtasidan xalqning xizmatini qilyapman o'qiyotgan bo'lsam bu deb javob bergan. Endi mening so'ramoqchi bo'lgan savolim doktor Mahmud Ala efendimdan xalq vakili Ovozlar buzilib ketdi. Buzilib ketdimi? Buzuq ishdan. Savollardan başlasan, to'g'ri oldu. So'ramoqchi bo'lgan savolim gapining doktor men savolga nimaniki Misr Arab Cumhuriyetininki Ya o gapning hammasi tugidi. Uni anglab bo'ldi. Anladık. Savolni ham so'rasam. So'ramoqchi bo'lgan savolim hurmatli doktor Mahmud Ala akimiz sizlar bir xalq vakili, xalq uchun, millatimiz uchun, Sharq Turkiston uchun bir to'g'ri yo'nalishda tez shaklda bir xalqimiz yo'riq ko'rsa degan uchun yuraklarni ko'ynayotgan bir xalq vakili. Xalq vakili olan sifatlari bilan Misr muftisi doktor Ali Jumaninki so'zi bo'yicha qilib aytgan vaqtida Ahmetcan bilan Hüseyincan Qarımga bir unvon berishga to'g'ri kelsa, mayli bakalavrlik yoki magistrlik yoki doktorlik qaysi unvonni berdilar? Xalq nuqtasidan, universitet nuqtasidan emas. Xalq savolimga bir javob bersin. Chunki bular 10 mingdan 100 mingdan yoshlarninki ta 90-yildan tortib shpigrapni besib taqtib millatni qo'zg'atish va xalqaro datni anglatish uchun qilayotgan tashkilot xizmatininki varischilari. Aldığı 20 yıl keyini 7-8 yıl olgan. Sualım tügedi rahmet. Yaxshi. Albatta bizda o'tganda men gapimni tizli qilay. Biz Ahmetcan bilan qilgan bir suhbatda xalq nimada derak berdi degan bir narsani so'zlashgan to'q. Albatta men bir xalq vakillik qilolmayman. Men bu Uyg'urlarning bir Uyg'ur o'g'liman. Sizlarga o'xshash necha millionlagan xalqimizningki bir nafri. Bu jihatdan men bu ikki qarindishimizga o'zimning og'zidan, o'zimning shaxsiy nomimdan nurg'ulg'an tahsillarni aytdim bugun. Ya'ni har ikkalanni men bizning beshimizda ko'taradigan azizlarimiz, bizningki inillarimiz, qarindoshlarimiz, chunki Uyg'urlarda kam ko'riladigan bir yuraklik bir o'tirg'i chiqqichlar. Bular tavakkilchilar. Bular bir ingliz bir gap bor, dreamer degan bir gap bor. Bu degan gap bular o'zining g'oyasini qo'g'lashchilar bular. Tush ko'rguchilar bular. Idealistlar bular. Realistlar ham idealistlar bular. Bizga mana bu shunday odamlar kerakdi. O'zininki bir nimasini, o'zininki bir qizg'inligini, o'zininki hayotida qo'g'lashgan bir qimmat uchun hamma narsadan voz kechishlik darajada o'zini beg'ishlariga odamlar. Buning uchun men bunday odamlarni intayin cho'ng ko'rman. Ikkinchisi, bizda intayin kam bo'lgan bir narsa bu ishgalanda hozircha yaxshi, ya'ni izchillik. Nurg'un ishlarimizda mush qarindishimiz o'xshash, mayli u ish cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, xatarlik bo'lsin, xatarsiz bo'lsin, mushga inimizda o'tirib chiqib izchil bir qilayotgan odamlarimiz intayin az. Bunday odamlarga biz texniqdan muhtoj. Ondan uchinchisi, bular ko'p dedi Abay, bular mayli to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, hattoki Abay Ahmetcanning shaxsiy turmush psixikasi azroq kirdik.
hayotidagi ashundoq kamtukliklar bo'lsin, to'liqlanmas bo'lsin, shunda turib yana o'zini xalqimizga baxt olib kelaman, xalqimiz uchun bir kichikina bo'lsa-mu bir ko'ngil xo'shi tushiradigan, bilim oladigan, huzurlanadigan ham olimlarimizga ular o'tirishga bir aloqa qilish uchun bu qadar jiq ajrsin degan. Buning uchun men bularninki nimasi albatta oldi bilan Alloh berdi bularning mukofotini, ikkinchisi Uyg'ur xalqi berdi, uchinchisi shaxsan men savol so'rash men beraman, intayin katta bo'lishiga men ishonaman buning dedi. Mening javobim shu. Yana bir qaysi telefonim bor, eski telefon o'lib o'tay. Agar anglayotgan bo'lsa, o'sha mana telefon biroz tizim. Aleyküm selam, sorayım. Bu Nahmedan ko'rayotgan ovozni aytsangiz bo'pti. Ha, to'xtang. Ha. Mening ovozim keldimi, kelmadi? Keldi. Hozir oldingizmi? Gap bo'ldimi? Anlatamiz, gap qilamiz. Assalomu alaykum. Mening rahmat amalaga, Alloh rozi bo'lsin. Mening savolim tajalli qarindishimiz var. Her qachon, her zaman bir yaxshi maqsad, yaxshi bir natija keldi degan gap yo'q. Hammamiz tirishyapmiz. Babaytın özü bir yılnamalarını dedi, ben tam kalamda tutamadım. 2010'da mı, 2012'de mi, şu çayxanalarda, məncə bu sağ şu ündarın çayxanalarını ki dep oyladım hem de. Aşağıda ders ötkəndə üçüncüsünü bərgən vaxtıda ders öttüm dedi ve birinci cümlesinde Uyghur dili, medeniyeti dep nurgun derslerini sandınız. Nima tecelli fıkam, qerinçim. Ve din hakkında anı cümlenizde bir narsa demediniz. Keyin malum sual sordum o, ya siz tefsili düşündürgen vaxtıda zorluk ve zulümge karşı dep dinimizden dep kıstırıp ötüp gettiniz. Bunu ben algan vaxtımda diyeceğim bu asaslık başka narsa din koşumcu dersimi ki degen bir düşünceye geldim. Benim hem de hazırki nimem sizge bo'lgan savolim bu dersiniz qanchalik vaqt davom qildi? 6 oymi, 2 yilmi shu xalqimizga chet elda turib bergan dersiniz qanchalik vaqt davom qildi? Ham buni chet el nima Xitoylar bildigan ma'lumot deb o'ylaganligim uchun ochiq so'radim. Agar javob berish zarur bo'lsa bersangiz bo'ldi. Ve her bir qatim dersiniz mesela haftada birmi, kunda birmi, her bir saatlik dersinizde 1 saat mı, 2 saat mı veya ki mesela bir mezmunuda mesela ben sual sorayım da psikinasını kallam koyup aldım bu. Her bir dersi ötken adam 1 saatinin içinde 1 saatlik ders olsa mesela gemdi. Onunki manç persenti medeniyet, manç persenti til, manç persenti din deyil amdaq bir işitimizi san buldu. Şunda din qanchalik persentini tashkil qildi dersinizde şu. Ve sizin məqsəd qilgan şu maqsadingizda natijani oldingiz mi? Bu birinchi savolim. Ana ikinci savolim bor. Birinchi savolingizni javobi qartash, ikinci savolni so'rayman. Yosh javob tukkanda ulaymi yoki hozir deyapsiz? Javob tukkanda olsangiz bo'ldi. Ma'qul. Qani, Hüseyin Tecelli efendim. Rahmet, mana shunda telefonini saqlab to'g'rilay mana 4-5 yil bo'ldi. Safla yazıdı. İşkirandı görünmeyimiz o. Ben bugünküce bu şekilde oçuklum beğenmedim. Çünkü bir insan çıkıp telefonda 3 yıldan beri işkirandı var. Onun aldıdım vardım ama nahit altın devrimiz bu 3 yıl. Her gün istegim oldu beyazdı. 3 gün görsek. Allah razı olsun bu kardeşimizin ayar kişi olsun mu? Çıkıp müştak 100 lirane bizne soruya alırsa inşallah bize suala cevap versek buldu. Ondan kim biz kıraşımızın hakikatini ben şahsen bilmem o işin için. Başkalar cık bilmeydi onun için menden anılsa anladım. Bana işensi buludu, işenmesin buludu. Ama ben deydiğen sözünü deyim. Ben abay degen okşaş, 2000'den tatip içkeride Cıngıcı'da bizim okutuşu çok işledim. İşxanamda kompüter batı, üyemde batı. Şu vaxtda diyarım çayxanasıda başqurğucu olab Dilşat Ataman degen qarindishimiz turmada herhalde azırak çıkmadı. Şunun bilan biz yaqin turgan şu sohbetxonada çayxana deb bir narsa bo'ldigan esimda bormi?
Bu burullam çıkan bu. Başta yazık şekilde çıktı. Keyin avazlık şekilde özgerdi. Aşağıda oturup paranlaşımız. Paranlaş bile mağribinin gibini kılımız ile onun gibini kılımız ile çakçaklaşımız bu şekilde ben içkirde boğallıkım için 5 yıl içkirde o şekilde ötkezdik bu çayxanını. Ya da asasen mağrib şekilde münazirleşimiz. Quruq gap qilmaymiz çünkü vaqtida çayxonlar shunday ko'p avib maxsus adam tillaydigan çayxona vardı. Axloqsizlarning çayxonasi vardı. Qiz o'g'il tepishtiradigan çayxona har xil Xitoy ichib etgan zodi, tor dunyosi ichilib ketgan. Biz shu fursatdan foydalanib shu yerda ancha-muncha millatning gapini qilib oldik. Men bu endi bu yerda o'zimni maqtag'im yo'q. Men bu mayli atalmış Nungda Eziklik Üniversitesi olsun, mayli Şinjan Üniversitesi olsun, mayli Qashqardagi bir qancha oliy maktab olsun, hammasi shogirdim bo'lgan bir adam. Men bir ziyoli desam balkim ba'zilar ishonmasin mayli, ama men bir o'qigan odamman o jihatda, ya'ni ma'rif jihatda har qanday kishi bilan fanniy jihatda, mayli ma'rif jihatda paranlasha olmayman. Shunga o çayxonada biz o xizmatni qildik, ya'ni milliy bir davlat xizmati. Ya'ni diniy da'vat nihoyat oz bo'ldi. Chet elga chiqqandan keyin diniy da'vat qildim, chunki men bir din o'qigan kishi, mening kasbim din va men jannatga kirishni o'ylagan bir shaxs. Shu meningki o'lib ketguncha inshaalloh agar Alloh mening qo'limdan bu kuch-quvvatni olmasa, mening asosiy xizmatim diniy da'vat qilaman men uchun. Diniy da'vat qilaman. Kishilarni Qur'oni Karimda nim bo'lsa shuni so'zlayman. Hadisda nim bo'lsa shuni so'zlayman. Millat meni sanda dedim, manda qildim, manda oldu degan ish bilan mening ishim yo'q. Chet elga chiqqandan keyin albatta har xil temalarda, suhbatxonlarda men so'z qildim vaqtida YE deb bir narsa chiqdi. Bu Xitoyninki eng chong radio stansiyasi. Hozir YE keyingi zamonlarda biroz ma'lumotim bo'lmadi. 100 ming kishilik, 200 ming kishilik radiolar bor Xitoyninki ichkirida. O ikirallık, keyin ikirallık çıktı. Bir adam radio boshqaruvchi so'zlaydi, uning ichida minglarcha adam anglaydi. Mening eng ko'p odamga so'zga vaqtim 6600. Birlik qitimda 6600 adam meningki sinfimga kirib kishilar bizning darsimizni angladi. O vaqtlarda Xitoyda internet erkinligi ajoyib cho'ng bo'ldi. Ham mening dars qilayotgan zamonim shu Jang Chunshan bo'lishi mumkin, shu vaqtdagi Abdum rayonning raisi. Vaqtidalik yağlı qalsan boludu, maskita qilsan boludu deb biroz xalqqa bir shu 2015dan burun bir echilish bo'lgan. Do'ppi bayramini Xitoy o'zi tashkillab berdi. Nurg'un narsalarni qilib berdi. Bir ochiqchilik bo'lgan bir zaman bor, yodingda bormikin shu? Masalan, chet ellik Uyg'urlarning vatan kirib chiqishi avjaldi. Har siyosiy kishilarimiz vatan kirib chiqa oladigan bo'ldi. Ya'ni shu asli kambi ichilayotgan vaqtlar va uning oldidagi vaqtlarda men o'zimninki da'vatni ilib bordim. Men da'vat qilsam har narsani qataman da'vatimga. Kishilar buni har xil keng kunlar tuhmat qilib hijratga chaqadi, nima qildi, Suriyaga nima qildi degandek gap so'zlar chiqdi. Men bugungacha ochiqlik bermadim, chunki da'vogarning bir isboti bo'ladi. Men qancha yil da'vat, qancha oy da'vat qildingiz yoki so'z qildingiz dedingiz, men 97'den bugünkü davet kılıvatıma hazırның sözümün uzun bir davet. İkincisi chet elde men 2011'den 2015'gacha yadımda qilishcha 4 yil davet qildim. 2016'gacha hatta yo'q 2015'gacha. Undan keyin 1 yil dam olib oldim. Undan keyin yana ishkironga chiqdim. Bu 5 yil jarayonida YE'da davet qildim. Bu yayının alayidligi ovozni tuzaltib berdi, ovozga effekt beradi. İkincisi, har qanday anglag'uchi ovozga oladi. Masalan, mushuni hozir so'zlayotganimizni har qanday kirgan shaxs ovoz qilib o'zi tushirib o'zi anglay oladigan bir alayidligi bor. Bilyao.com deb Xitoyning bir tor bitnasidan shuni chiqdi. Men 5 yil jarayonida yuzlarcha soat so'z qildim. Minglarcha saat sözüm mening xalqimga yetdi shu zamonda. Mening taxminim bo'yicha 5-6 million kishiga taqildi deb o'ylayman Sharq Turkistonda. Ammo bugungacha bir shaxs chiqib meni sen magapni mana debsa yo pijaga chaqiribsiz, Suriyaga chaqiribsiz, men hijratni gapini qilibsan deb baqmadi. Chunki men demadim buni. Men demadim. Agar degan bo'lsam Poloniyaga yo Suriyaga beringlar, bir qanday qiling degan bo'lsam, chiqsin shu inson falan vaqtda Suriyaga adam chaqirgan
disi boludu. Men bu qarindishimni hurmatlab bu bir ochiqlik keltiryapman bunga. Veya ki ispatını aldığımı koyusu buludu. Veya ki en mühim narsa chet elga 30 mingga yaqin Uyg'ur chiqdi deb bilaman. Şu vaqtda. Şu vatandan Xitoylar Uyg'urlarni qachoqqa vaqtida 30 mingga yaqin Uyg'ur chiqdimi deb o'ylayman. Nima uchun bu 30 ming Uyg'ur mening ustimdan guvohlik bermaydi? Men bunga hayron qoldim. Nima uchun bugun Suriyadagi urushchilar yoki Türkistan İslam Partisi yoki cho'ng jamoat, kichik jamoat palani vaqtida mushu bizni bu yerga chaqirgan demaydi. Demakki unday ish yo'q o'rtada. Bo'lsa, o'tirib chiqsan, men shunga loyiq yana ikkiran ustida xalqimga ochiqlik bera olmayman, tushuntirish bera olmayman. Bugun tunji qitim yillarcha ustimdan qilinayotgan tuhmatga ochiqdan-ochiq gap qilyapman. Bugun tunji qitim. Buningdan burun men bermadim. Nimishqa oldimizga kelinglar. Nima uchun bugun PKK'ning qo'lida asirga tushib qolgan mingga yaqin kichik balamiz bor. 7-800 ga yaqin ayollarimiz bor. Erlarning ko'pincha aşağıda vafot etdi, yo'qolibdi. Hem uningdan keyin Türkistan İslam Partisi var ve Afganistan'da ve nima bor? Suriyada bu Türkistan İslam Partisi var. Bular chiqib Hüseyin Tecelli manda gapni qilib, manda bo'lganda desa, biz o'tirib munozirlasak bo'ldi, deysek bo'ldi. Undan keyin men mahkamaga kelsam bo'ldi yoki chiqib sizlarga tushuncha bersam bo'ldi. Ama bugungacha bir o'tirdi isbot yo'q, quruq gap. Hatta mening xili yaqin adam qarindoshlarimni da'vatida bu sizlar usta hijratga chaqirib dikansizlar, nimaga chaqirib dikansizlar deydi. Qur'oni Karimda hijrat oyati bor. Biz 97dan tortib Qur'oni Karimni kishilarga tafsir qildik, hadislarni dedik, og'zimizdan chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki da'vat jarayonida payg'ambarimizning islom hijrati bilan boshlangan bo'lganligi uchun u og'zimizdan ba'zi gap so'zlar chiqadi. Ama hiçbir zaman hiç kimni, her qanday bir shaxsni sizlar Turkiyaga hijrat qilinglar, Afg'onistonga hijrat qilinglar, Suriyaga hijrat qilinglar deb men demadim. Agar degan bo'lsam Rasululloh hijrat qilgan degan bo'lishim mumkin. Hijrat deb tushungan bo'lsam. Ama Suriyaga adam solgan, yo manda qilgan degan gapning hammasi butunlay mening ustimdan qilingan tuhmat va haqorat. Shuning uchun men bugun shu xat yozganlarga javob bermaydim. Mesela bu savolni xat yozgan adam so'ragan bo'lsa javob bermaydim. Telefon qilsin deydim. Chunki bir adam inson chiqib paketni o'tirib qo'ysa, undan keyin bu ish ochiqlimi bo'ladi. Shuning uchun shu mushtaq gap so'zlar qilayotganlar, Allohdan qo'rqinglar, ustimizdan bundaq yo'g'on betnamni chaplamanglar. Biz hech bir zaman insonlarga Suriyaga borgin, ya bu demadik. Agar degan bo'lsak, nima uchun Suriyadagilar bizni tishlab tortmaydi? 30 ming Uyg'ur chiqdi chet elga. Nima uchun Hüseyin Tecelli insonlarni Suriyaga chaqirganda bir kishi chiqib WhatsApp'ta ya Facebook'ta yoki bir ekranda so'zlamaydi? Chunki yo'q. 3-masala Gollandiya havodagi chuvinni kontrol qiladigan davlat. Bu Gollandiyaningki bexatarlik sistemasi ajoyib ustun. Gollandiyada turib bir inson, yana bir insonni chet elga, hijratga, jihodga so'zlayolmaydi qarindoshlar. Mush kelimenin chiqarishdimi biz diqqat qilamiz mana ekranda. Nimishqa Gollandiyaning istixboroti bor. Gollandiyada ilg'o bir odamni jihodga chaqiradigan ishga unda normal sel radikal dindorlarni saqchi izlab kelib tekshiradigan yer bu. Hech qanday ish qilmasmi? Sen masjidga chiqroq kirdigansan, nima ish qilyapsan? Nima desa deb istixborotni tekshiradigan davlat Gollandiya. Başka devlet maçta bo'lishi mumkin. Bu yerda turib bir inson. Men Gollandiyaga 2018 keldim. Ahmetcandan burun keldim. Bir inson Gollandiyada turib xalqni, Sharq Turkiston xalqini jihodga, hijratga chaqirolmaydi qarindoshlar va Suriyaga texmi chaqirolmaydi. Afg'onistonga texmi chaqirolmaydi. Undan qilib qolsa shu oqshom keliblar, uni saqchi tutadi, jinoyat otadi, terrorchi ekansa deydi bu yerda. Shunda aslisiz, isbotsiz yo'q gaplarni qilmanglar. Üstümüzden fitne basat to'qimanglar, tunji qitim ochiqlik beryapman. Har qanday so'zinglar bo'lsa, bugun bu hemşerimiz bunu sormadı, rahmet, Allah razı olsun, ama bu savolning bir tushsa ekan deb shunda umid qildim. Chunki bek charchidim bu fitne basattım. Hatta yaqin insonlar, mesela Gollandiyadagi Uyg'urlardan so'rash kerak, bu mushtaq qilganmi deb. Bundaq ish o'rtada bo'lmasa, nima uchun bizga badnom chaplaysizlar? Nima uchun
bizge o töhmetini toqiysiz ki. Nima uchun shu Suriyaga borgan insonlardan sizlarni bu yerga kim soldi deb so'ramaysizlar. Nima uchun ular bir bayonot e'lon qilib bizni falan hozir bundaq bir gap uchib yuradi jamiyatda. Turkiyada Uyg'urlarni Daeshga yo'lga solgan odamlar bor deydi. Nimishqa shu yerga borgan mujohidlar, qarindoshlar bayonot e'lon qilib bizni ma'u soldi. Ma'u uyda yotqizdi. Manda qildi deb shu erkaklar nimishqa deyamaydi. Hemmiş uçuk tursa ortada. Kimning sağlığı, qaysi mashinaga chiqqanligi, qaysi chegirga borganligi uçuk tursa bugungacha bir mujohid chiqib, kimning o'zini yo'lga solganligini Daeshga yoki Jijaga yoki men aytgan talab qilman, mana bu Pardaqs programmasining 4-qismida buni tilga oldim. Shu Daeshdagi bugun minglarcha qarindishimiz asrdagi bayonot e'lon qilish kerak. Kimning sog'lig'ini, kimning o'zini yo'lga solganligini bayonot e'lon qilish kerak. Ben Müslümanların başka kişilerini dumandan asla taşlap koymaslık gerek yazık kardeşler. Bizsi mağarip teşkilatını, bizsi bişkimine, yani biz sabdıkadı yapacağını bişkimine karılavadıdı, töhmet kılavadıdı. Şu yolga sağan, şu Daeshdeki bugün Facebook'ta, WhatsApp'ta her günü aşının işinden xet çıkavadıdı, telefon kılavadıdı, bizge yardım falan kutusu. Nemi için sizlerini kim yolga saldı kardeşlerim? Sizler üzerine danladın ya. Muhbirlığa danla. Sizlerini kim yolga saldı? Kimselerin İstanbul'da baktı. Kimselerin İstanbul'dan nemege yot gidi. Gaziantep'e. Yani bir yerge. Sizler nemi için diyemeyizler bunu. Bu için diğer vaktinlarda sizlerin kutkuzluğa edem çıkıdı inşallah. Ben bunu programmamda bu da açıklayma. Ulanı kutkuzuş asan. Ulanı biz kutkuzanmayımız. Bizimki koşum çıkıp dep koyayım şeyde. Bizim iqtisadımız yetmeydi. Her bir esir için $70 biz bunu tapanmayımız. Ulanı kutkuzuş intayın asan inşallah. Ulan bir amal var şunu kıysan ulan kutkuzup çıkılı buladı. O amalını ben bu programda demeyeyim. Çünkü buna münasibetsiz. Rahmet müşinçlikdir. Köp rahmet. Kene Ahmetcan telefonla ağzın alaylı. Bu da sual sel hem de muhim bir sual oldu ama bundaki sel kıskarak cevap verirler. Vaktimiz var. Cevap uzurab ketdim menimcha. Savolni sel men çünkü mush programda mush javobni men devamlasam ishim bek siqilg'iliq. Men bu gap so'zga chidamadim. Ya onu anladık. Kene Ahmetcan sualını ağzın alaylı. Ki savolning davom bormi deb davom bu qanaqa. Selamünaleyküm. Cevabını anladınız. Başka sualınız bolsa kısqalan so'rang. Bo'lmasa vaqt biraz qistab qoldi. Rahmet cevap kızımızga. Şu özünüzün gibi hazır bergen cevabınızla soray. Çünkü o ikinci sual tekerek murakkabroq. Siz her bir qıtım mesela 6600 o'quvchi var, her bir qıtımda milyonlan gamina avazım var dediniz hem de 1997'den hazırgacha davet qilib keldim dediniz. Abaytın memtimin malum sorğandı şu bulup mu şu 2011'den 15gacha şu ders qilgan vaqtlaringizda xalqninki aştaq bir sual tushdi ku deymi? Amanlığını oylaşdınızmı degan narsani. Aştaq dal cevap bermediniz, abaytın anlap turdum. Endi aş davet qildim deysiz. Saatlarca nimani davet qildingiz? Hozir aş burun qilgan davetlaringizdan 3 tal misal bera olamsiz? Rahmet. Rahmet. 2011'den 2015gacha men emas, Abdulakim Maqsimajim, Kerim Qari Kucha, İstanbul'daki Köseni, Kanada'daki İbrahim Damollam, Norugiya'daki Yahya Maqsum. Biz hemen davet kıldık. Biyadılıkı Maksus Hüseyin Tecelli kımmede o çayxanda. Hemen davet kıldık. Bunu davetini anlığalla ikirangı çıkıdısın buludu. Nemin davet kıldıqını. Ben abay sizge dedim, ben özümni maqtaşdan qiychinayotiman. Men ma'arif, fen texnika, matematik, meyli qaysi şekillerde bolsun, her tarafdan mutaxassis bo'lmasam mı, xalqimga, qarindoshlarımizga ilim o'qishni, bilim o'rganishni, zavod korxona qurishni, bularni da'vat qildim. Da'vat desa arabcha tushunib oldi ekansizlar. Uningdagi namoz o'qishni, ro'za tutishni, haj qilishni, axloqliq bo'lishni, insonlarga yaxshilik qilishni, Ramazon kelganda zakat berishni, mushlarni da'vat qildim. Ya'ni islomda bor bo'lgan har qanday narsani da'vat qildim va da'vat qilaman qiyomat o'lib ketguncha. Qur'oni Karimda nima bo'lsa uni da'vat qildim va uni da'vat qilaman.
2011'den 2015'gacha Kur'an'da Allah Kur'an'da nima degan bo'lsa, shuni qildim. Bu gapimning oyig'ida men. Undan keyin xalqning bexatarlik masalasiga kelsak, biz Abdulakim Maqsum hojim bilan bu to'g'risida yig'in ochgan. O'sha xalqimizni da'vat qilyapmiz hammaylar. Hatto dars o'tayotganlar bor, tafsirdan, hadisdan, uningdan, buningdan. Xitoy hozir qo'yib beryapti. Qo'yib berishdagi maqsad balkim xalqqa yaxshi ko'rinish bo'lishi mumkin. Yoki to'ni yo'g'on ichib birib biroqli yig'ishi mumkin. Biz qanday qilamiz buni deb men shaxsan savol so'rab, agar xalqimiz bizning da'vatimizni anglab, o tutulib ketsa, turmuga tushsa, buning ziyni kimga bo'ladi? Biz buni qanday qilamiz degan vaqtimizda ularni ustunki kishilarga savol qo'yib va nim qilib, bizning xalqimiz mustamlikada xalqning Xitoyga qarshi chiqishi va zulmga qarshi chiqishi, ularga qarshi harakat qilishi farz ayyin. Uning uchun biz da'vatimizni qilaveramiz. Agar ular bizning da'vatimizni anglab uyg'onsa, Allohning rahmati ularga qarshi chiqsa, chunki bizning da'vatimizning ostida butunlay Xitoyga qarshi chiqish, Xitoy hokimiyatiga, Xitoy zulmiga qarshi chiqish yotidir. Hech bir zaman biz Xitoyga bo'ysuninglar, namozingni o'qib, yog'liqingni olib yuringlar demadik xalqqa. Faqat ostiridan zulmga qarshi chiqishni biz shunda ustunlik bilan yetaklab berdik, chunki biz gapimizning to'g'ri ekanligini ishonadigan odamlar. Bu javobni olgandan keyin biz davomli da'vatimizni qanot yaydıraveramiz. Xalq buni anglaverdi. Ular tutilsa, turmuga tushsa, chiqarishga loyiq imkoniyatni xalq o'zi nima qiladi? Chunki biz inqilobchi, biz jangchi, biz xalqni o'g'itishda, men xalqni uyg'otsak tutilib qolamdiki, turmuga solamdiki degan bu narsani biz ikkinchi o'ringa qo'yamiz. Biz xalqni jangchi bo'lishga, Xitoyga qarshi chiqishga her türlü yol bilen başlap mağdagan kişiler, bunun için biz o xalqninki bexatarligi bilen bu jangning taraqqiyotini bu şekilde qilamiz. Herkes bu biz xalqni da'vatni anglab deb tutib olib, biz jangni to'xtatib qo'yadigan ish yo'q deb buni Abdulakim Maqsum hojim va cho'ng olimlarninki javobini olgandan keyin nayt qo'rqmay şekilde biz da'vat qildik. Xalqni uyg'otish. Misal uchun men bir savol emas, bir üzerinden fikrini oturup koyayım. Bu davet qilish vaqtida albatta abi bir gapni deb o'tdingiz. 2011'den 15 yılgacha bir ichilish qo'yib berish bo'lib ketdi dedingizda, anonsiga buni o'zingiz sezgandek, buning bir tozaq ekanligini deb o'tdingiz. Chunki 2017dan keyin bu tozaqlik ayon bo'ldi-ku bizga. Yoki yaqin 10 yil ichida bizni bir qo'yib o'tib, oxir bir yig'qa vaqtidami, albatta qo'rqinchli shaklda yig'di-da bizni. Ehtimal bu yerda siz shu ustidan kelgan nima bo'yicha qilgansiz ma'qul. Ammo mush vaqtning o'zida mushning tozaq ekanligini his qilgan vaqtingizda azroq bir to'xtab turish yoki Xitoyning fe'lining yomon ekanligini azroq bir o'ylamiding, bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, bu texidimmi cho'nqurlikdagi bir axloqiy savol bu. Mushu da'vat qilgan abaysiz sanaqalning hammasi chet eldagilarsizlar. Siz chet elda turib qildinglar buni, bexatar o'rin turib qildinglar. Xalqimiz o'tning ichida. Bu chaqda hozir siz aşı xalqimiz muşuna da'vatlarni anglag'anining ehtimal ko'p qismi yoki biz bilmaydigan sondagilar Xitoyning lagerlar turmalarida ehtimal turli azob oqibatlarga duchor bo'ldi. U emas, hattoki telefonda bir parcha diniy rasm chiqib qolgan xalqimizni Xitoylar ko'chini tuhmat turmalarga qildi. Ammo sizlar chet elda omon yashadingizda, masalan. Mushunda bo'lgan vaqtda siz hozir shu burunqi qaytgan vaqtingizda ko'nglingiz bir gunoh tuyg'usi bo'lamdi? Yo'q. Masalan, mendaq bir ish bo'chum. Birinci bu meseleni biz ayrım programı kılıp uzun toxtalışımız gerek. Çünkü bu bir seviye meselesi. Aynı vaxtıda Kerem Qari, Abdülkerim Qari Kucha 27 yıl turmada yetib şehit qilinib ketgan. Bu adam Qashqarda, Kuchada veya bu yerda aydınlık hareketi, yani davet ilib borgan vaqtida u adam shu dinni tut qilib turib davet qilibdi. Xalq so'zlaydi, xalq anglag'anlarni tutdi Xitoy. Davet qilinigan uydagilarni tutdi. Uningdan keyin nurg'un olimlar chiqqan, Abdulakim Maqsum hojimni davet qilganlik uchun tutilgan. Bu davet qilish, shu tarixdan tortib Sharq Turkistonda davetchilar bir baştan davet qildi, bir baştan xalq tutildi. Chunki bu bir jang, bizga nisbatan bu bir jang. Onun için bunu ayrım programı qilamiz deyishimiz sebep bu. Bu oddiy bir ish emas. Bir odamning davet qilib qo'yib, xalqni tutib ketish masalasi emas. Bu aynı vaqtida Barin voqeasini, Barin jihadini, yani hareketini o'tirib qo'ygan Zeydin Yusufning bir jumla so'zi bor.
Biz yengilip kalımız, ustaz degan vaqtida. Bizning sonimiz az, qo'limiz qurolli asosan az, yo'q. Biz bunda qo'zg'alonni qilsak, %100 bayram bo'lamiz. Barin xalqi qirilib ketadi. Biz buni qilmaslik kerak deb naq mushaziq savolni kishilar so'g'an. Bu avg'u o'labil tuga, bu Zeyniddin yana birisi. Barin shahidlari. Xalq qanday qiladi? Hech nima yo'q. Chunki dadisi chiqish balsin tutgan hukumat bu deb degan vaqtida biz xalqni bizning Allohimiz bor. Biz o'lib yani yetib o'lgandan biz urushib o'layli. Xalq Xitoyning zulmida o'ladi. Biz buni qarshi chiqib o'lishimiz kerak deb, yani buni jang holatiga qilib biz jangning ichida xalqimiz o'zini jangning ichida turib ish qiladi deb bu shaklda bir nima qilgan. Shaxsan biz da'vatchilar, shaxsan men tug'ilgandan tortib yo da'vat qilgandan tortib o'zimni bir jangning ichida his qilaman. Hech bir zaman men taqqa chiqib xalqni eshitib qo'ydigan yoki mening da'vatimni anglab xalq tutilib qolarmi deb o'ylamayman. Men kishilarni uyg'otish uchun harakat etgan bir shaxs. Xalq tutilgan bo'lsa, buni biz o'lchaymiz. Xalqimiz qiyomat kuni Alloh bizni jazolisi bo'ladi. Jazolayalaydi zaten. Xalqimizmi bizni sen da'vat qilib, manchilik adam turmuqqa kelib ketdi deydigan ish bo'lsa, buni ayrim programma qilamiz. Sening to'g'rimi, meningmi yoki biz qaysi shaklda buni betaraf qilamiz, buning javobini chiqarishimiz kerak. Ya'ni shu xalqning dardini xalq bizdan so'rasi bo'ldi, kanimizdan siqsi bo'ldi. Ammo buni o'tirib deyishmay turib, siz o'z kallangizni men kallamda yoki bugun guvohlikka chiqishga men bir qancha qarindishimizni da'vat qildim. Qilsam dediki, meningki uyamdagilar hozir saq dedi. Hozir saq. Men guvohlikka chiqsam balki ular ziyon yetib qilishi mumkin. Uning uchun guvohlikka chiqmayman dedi. Ko'pincha guvohlikka chiqmaganlar bunda deb qaraydi ekan. Ammo ko'pincha inson uyamda ne desa, sen shu o'zingning manfaati uchun guvohlikka chiqmadisa degan gapga biroz o'xshab ketadi bu-chu. Guvohlikka chiqqanlar vatan ichidagi kishiga o'xshatsak, da'vat qilib guvohlik qilmish chiqmaysizlar da'vat qilganlar vatansizlik odamlarga o'xshaydi aslında. Uning uchun bu yerdagi ikkisini o'tirsak tamponlikni biz tep chiqishimiz kerak, ammo bu programmada buning javobi chiqmaydi qarindoshlar. Bu programmada men to'ntaqli javob beraman. Biz xalqimizni uyg'otish uchun harakat qilyapmiz. Turmuq tushishi mumkin, o'ldirilishi mumkin. Bizning da'vat qilganimiz xalq bu yan bir narsani tushunmasliklar mumkin, doktor tushunishi mumkin. Hurmatimdan shunday deyman. Xitoy hech bir zaman bir da'vatchininki bir xalqqa da'vat qilganlik uchun u xalqni tutmaydi. Xitoyninki proje planlari bilan davlat boshqurdi. Bir davlat plan bilan davlat boshqurdi. Har 10 yilda bir yoshlarni qirqib tashlash, hech qanday ish chiqmasa, Qashqarda nimaga quduqqa zahar tashlab tutdi, oyat xatchaplab qo'yapti, bu yerda portlab ketibdi deb Xitoy terrorlik voqealarini o'ydirib turib xalqni tutdi. Xalq hech qanday ish qilmagan. Urumchi voqeasidan burunmi 97dan 2009gacha xalqimizda bir qo'zg'alish bo'lmadi, tinch o'tdik. Ammo tutiyverdi, o'ldiriyverdi, yo'qitiyverdi. 2015dan biz butun xalq Xitoyga qarshi hech qanday ish qilmadik, lagerni ichiverdi. Biz Uyg'ur bizning gapimiz bir-biriga qarshi chiqyotdi. Xitoy bizning Uyg'ur bo'lganligimiz uchun yo'qitdi. Hüseyin Tecelli'nin da'vat qilib qo'yganligi uchun, Abdulki Maqsim Hojimning jim qilib qo'yganligi uchun, Zeyd Yusufning Barin voqeasini qo'zg'ab qo'yganligi uchun emas. Barin voqeasi chiqmasin Xitoy bizni o'ldirdi. Urumchi G'ulji voqeasi chiqmasin Xitoy bizni o'ldirdi. Buni biz bilishimiz kerak qarindosh. Uning uchun uzun vaqt kerak bunga. Buni aytganim o'rlashtirsak bo'ladi. To'g'ri, bu ayrim bir og'iz qo'shaymi o'shada? Bo'ldi. Siz bir gap ketgan bo'pti, men gapim batmay keyin qilay, qani Ahmadjon. Birinchidan, qo'zi bilan bo'rining hikoyasini unutib qolmaylik. Qo'zining har qanday qilmishi bo'ri uchun bahona. Uning asli maqsadi bo'ri yeyish, tamom, tugadi. Shuning uchun ayiblash masalasida bu masalani bir yerga qo'yish lozim. Ikkinchidan, bütün savollar, gumonlar, taxminlar, farazlarning hammasi asli yig'ilsak, Hüseyinjon apandininki shu tabliğ sohasida kishilar nimaga moyil bo'lsa, shuni bekrak so'zlashdan iborat bir qizg'inligi bor. Chunki kishilarning ko'pinchisi asli o'zi anglamoqchi bo'lib istaganini anglaydi. Shuni maqtaydi, shuni danglaydi.
bizga kelgan telefonlar bugungi program ajoyib nocha bo'ldi. Men shunda o'ylagandim deb javob berganlar. Samandır düşüş kaydı. Yani kişilerin anlamak isteyen intilgenine özünü beriş şekildeki uslubunu tenkit kılıdı. Köpünç kişiler. Ama Karım bunu maharet dep bildi. Taktika maharet dep bildi. Aslında ki biz diyetten kilip çıkışını ben müşo dep düşünmem. Çünkü Karım'ın düşünengenlikim için ve devletin nemisinin düşünengenlikim için bunu dep düşünmem. Hata olsa vallahi alim Allah kerim. Benim gibim değil. Yana bir mesele bir yerde bu bir tədqiqat meselesi inşallah doktor keyingi zamanda vakti olsa bir bizim halkımızga müracaat qilib hemen. Bu şu Uygurlarınki Türkiye kelish meselesi ve Daesh ve Suriye kelish meselesini ayrım programma qilib bunu qattiq tədqiqat qilishimiz kerak. Orta Asya'da 4-5 qirindishimiz o'lgan, şehit olgan. Şu vaqtida hemen ochiq deb etmay, hozirgacha kendi pishni basat nurg'un odamning hozirga so'rilib yuradi bu ish. Ama Suriye meselesi so'ralmaslik kerak. Hatta bizning ikkilanimizda olsun, Fidoyi Ahmetcan qirindishimizning ikkilanimizda bo'lsin. Bu meseleге bir qancha buni bildigan kishilarning chiqib hatta memnun qitilma inshaalloh bu ishni xalqimizga ochiqlashimiz kerak. Bo'lmasa shunda Xitoy mesela men hemşerimizden hoş oldum. Allah rızası için hoş oldum. Sualını ochiq o'tirib qo'ydim, men ochiq javobini berdim. Yani bu meseleni hal qilib 5 yillik so'z versek, biz xalqning zavoli qolamiz demek. Tugdi. Rahmat. Ahmetcan, sualdan en ahir iki sualını bir elene en ahir eğer telefon kelse. O telefon ba, ücretli telefon ba. Hoş. Selamun aleyküm Ömercan. Aleykümselam. Rahmetullah. Tizakman. Hoş. Sizin avazını anlavatımız emmeylen. Gep kısak buldu. Şunama? Bulur. Ben Facebook tükürevatkandım. Bu avaz keçkip gelirken de kırga vaktada. Biraz keçki de. Benim gibim buldum. Ömercan böyle. Benim fikrim yani sual tariqasida Mehmet'imin Ali efendimge, Ahmetcan Fidoyi efendimge yani Hüseyin tecelliyle biz paranlaşıp bakmagan ama sualım fikrim şu adam gün keldi ve andinkin en mühimi mesela bugün isi yaxshi program bo'ldi. Bu bizning fikirlarda ichida abiyatım birisi sordu şu davamlı nimalarni ko'rsak, programlarni ko'rsak, link ulash bilmasdan ko'rdik emas. Biz buni agarda mana qulayroq ish bo'lsa, shunaq yo'ldan pisab bo'lamdi degan bir narsani ko'rib qoldim. Yana biriga shuni eslatib qo'yaman. Konu kompüterchilar balkim bugun program ko'rayotgan pandemik vaqtida balkim insonlarning vaqti bo'lgan o'xshaydi. Va kompüterchilar balkim nimadan ko'rayotma fikri yozayotganlardan. Mening bir taklifim shuni siz kallamga ashlar bir sizda kompüterchi yo'q, kim yo'q ya. Bizda texnika dünyada bor shunning hammasi alalaymiz, ishlatalaymiz. Ama şununla şu yolda mağalaydıgan, şununla maslaşalaydıgan adam meselesi bo'lib qoldi. Agar aşnaq bir proje çıksa, mesela men hozir kallam keldi, bu tayyorlan bor mening qo'limda. Burunqi men programda malaqa 520 ming Uyg'ur videosi, butun YouTube'ning Uyg'ur videosi programı qilgan vaqtimizda mush gapni degan 520 ming dona Uyg'ur videosi bor masalancho. Nimasi? Ashunga o'xshash mesela şu vaqtida degan 70-80 ming dona maqola Uyg'urcha maqola tayyor bishmalar bor. Misol men bir mesele şunu kendim bir sorgan kategorileştirgil bulam da opşumkan. Bununla benim sualım sizlerge. Mayada biraz düşünüşlük olgan gibi sizlerge muşunak binasını tan kılıp mağazanğa emgek gücü var mı bizde? Mesela emgek gücü bu birla adamdan tügeniga iş emas. Neçilga adam kılıç gerek mesela misalga sakçı bir amma bir işler. Ya bu eğer muşunak işler qilmaydisanlar shaxsan men full destek tamamı destek berime
Mankançlar demişler Ömercanlar birisinin kutlusu. Şu yani ben tam destek vermem teknik cihette mesela açnak bir sistem database inimisi ve bunu bir maslaştırıp şiltiş köpçülükке ama onun özünün nimis ketidi özünün emgek küçük ketidi davamlı işleydiği adamlar ketidi hem adam özünün koldan kelişçe part time qo'shimcha ashnaqa harakat qila olamdi. Bizning mushunaq binasini jamoat birlashib turib qila olgandek kuch binolar bo'lamdi. Mushunaq binolarni qilish jamoat kuchi alam, ishlay olamdi. Masalan men bu savolimga ko'proq sizlarmi javob beringlar, lekin men Ala efendimdan mushuni so'rayman. Masalan, mush bolalarga hozir Ahmadjonga, Husayn Tajallik yaxshi xizmat qilyapti, to'g'ri ko'p kuch olyapti. Hammasi gap yo'q, yaxshi. Ammo biz qanday destek bera olamiz bularga? Mush masalasini o'ylagan vaqtda hamda. Ma'qul. Anglab baqili javobni. Mening javobim buningga bir ayrim bir Ahmadjon bilan bir program o'rlashtirib texnikum inchrak esa. Chunki men bu siz deyotgan database qurishdagi ishlatilgan materialning qanday ekanligini bilishimiz kerak. Avval undan keyin qaysi kategoriyalar bo'limiz buni bilishimiz kerak. Ya'ni ularningki qancha ishlatish qiymatining borligi, qancha emek kuchi ketadiganligini bilishimiz kerakda. Shuning uchun mening tavsiyam buni bir ayrim so'zlashaylik. Hozir meya desak buni ayg'in qilmaydi. Anadan keyin mushning qiymatiga qarab turib albatta bu agar buni bir proje sifatida tutsak bunga bir odamlarni qiziqtira olamiz deb qarayman. Qanday ayrim so'zlashaylik buni. Ma'noda chiqib so'zlashaylik. Tamam. Bana kelgan boshqa savollar bir savol borken ama bu savolni bu yerda bu savolning javobini telefon yo'qmi Ahmadjon? Ahmadjon telefon bo'lsa telefon yo'q. Telefon urib so'ranglar qarindoshlar. Qanday bo'lsa, men yozmish savollarni o'qib olmayapman. O'qib olmadik, yetishim chunki shaxsan men yetishamadim, kechirsizlar chunki men sizning gapingni anglayman deb men kompyuter qarayapman. Bu savollarga bugun javob berishni xohlamayman. Telefon qilsin. Mana hozir doktor bizning savollarimizni anglaymiz deb tushgan inkaslarni qaytaryapti. Biz hozir qadar qilayotgan programmada hammasiga yetishib kelyapmiz, ya'ni kalla yana yetishdi ekan, Allohga shukr. Shunga sizning kallangiz bizning shaxsiyatimiz hujum qilmaydigan har qanday savol bo'lsa javob bersak bo'ladimi? Mana bir qarindishimiz nima qildi? Telefon qilyapti-da, ammo bu qarindishimiz bo'lsa Ahmadjonning nomeriga telefon qilsin, men ishkiran hozir yo'lab qo'yay, men telefonimni to'kaz qilib, men yaxshi chiqmadi ovozi. Şu qarindishim sizmi shu? Nimaga urum? Ahmadjonnikiga urum. Men ishkiran rizotday hozir. Ekranga urib qo'ydim men zaten chiqadi ekranda. Ishkiranda nomeri bor Ahmadjon uringlar. Herhalde vaqtimizmi bir yagi bordi. Oxirgi bir ikki savol bo'ldi. Shuni bilan bugungi programmamizni ham qilamiz. Qolgan savollar ko'p bo'lsa keyin o'zimiz o'qigan vaqtimizda yana bir haqiqatan bu biroz abiyatin qarindoshimizning men savol so'g'ichi telefon kelish datimanda. Arkadaşımız deb ketdi, biraz çiçilib ketdi deb. Biz haqiqatan qiliblaşgan savol javob deb bu imtihon shaklida qilib bo'lmaydi ekanmiz hozir. Chunki zaten tunji qitim hayotimizda tunji qitim berayotgan programma. Masalan, hayotida ömrida birinchi qitim ishlayib chiqqan bo'lsa, bu da fursat insonning gap tugamaydi ekan. Topa olamdi, ba'zi topolmaydi ekan hatto. Ya, ishqillarniki bu 3-4 yil bu ishni qilish jarayonida gapinglar ham yig'ilib qolibdi ekan. Shunga gapinglarni tepsini sirlab qo'ygan ketdi. Bo'lapmi? Tajalli efendimning to'kib olgan gaplari chiqqan eng oxirisida bu savol bilan kelib menda bir mas bo'ldi. Agar nimalar bo'lmasa programmamiz saqlaydi, unda bo'lsa chiqmadi. Bir qarindishimiz yomon men telefon qilib ketgan, men mening telefonimni qilmadim, ishkiran yana bezibdi. Telefon nima qilyapsizlar? Ovozini eshityapsizlar? O'zining mikrofonni tanlasizlar bo'ldi. Mening telefonimning ovozi biroz buzilib qolibdi ekan, qarasizlar yaxshi chiqmay. Men ishkiran izləyirəm. Ay nomerlarını xabalmay bir izləsizlər ishkiranlar. Voy, ekran chiqib qana o'qiraymi? Ekranda bor. Yo'q, o'qasizlar. 0031 68 yo'q. Tamam, o'di. Savolni anlatdilar. Bu savolni Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nahmaydan mehmonxonatim. Nahmaydan anglayapmiz.
Gap qilsangiz bo'ldi. Mening deydiganim savol emas, ammo beshida nimaga qatnashdim, boshdan oxir qatnashdim, ammo zo'rliq tayyorlash maqsadidan keyin ayilib ketib, chiqqan vaqtimda shu vatanda da'vat qilingandan keyingi vatanda nimalarni da'vat qilingan va u yerda tutib ketganlarning ahvoli degandek shu naqshaga kirib qoldim. Shuning uchun men bu vatanda masalan mayli tejalli ustoz olsun, mayli boshqaning olsun, da'vatini anglab, ham shu da'vatdan ta'sirlanib turib, ilhomlanib özünün düşmeniga olan qarşı aniqlangan. Shundaqla ham boshqa jihatdan bo'lsin, shu hijratga chiqish bo'lsin, masalan, shu chet elga chiqish millat uchun qanday tuhfalarni qilishdan iborat bu narsani haqiqiy to'g'ri bir usulda dinning bir yo'li bilan tungan birisi bo'lish bilan vatanda shu da'vatning ta'min etib baqqan birisi bo'lish bilan bir guvohlik berishni to'g'ri topdim o'zim. Qanday desangiz, masalan, vatanda agar mushullarning da'vati, mushullarga o'xshash kishilarning da'vati bo'lmagan bo'lsa, biz vatanda ziyolilar, ustozlarni naydi kamdan kam tunudik, chunki naydi kamdan kam chiqqan bo'ldi. Mushullar chiqib, masalan, oddiysi millatimizning urf-odat, madaniyatini qo'g'dashning so'zini olsak, mushullar chiqib, Xitoylar bilan o'yinishning o'zi harom. Kim o'yildi ekan, sizlar dindan chiqqan bo'lsizlar deb keskin holatda bizni munosabatimizni ayirmagan bo'lsa, Xitoylar bilan o'yildigan, shunday qilib millatimizning qiyinligi, nima deymiz, Xitoylar bilan erishib ketadigan, shunday qilib madaniyatimizni saqlab qo'g'dab qololmaydigan, anikin Xitoylarni dushman deb tutishning ideyasini bizning qanimizga singdirib etmagan bo'lsa, ularni do'st deb tutadigan, ularni yaxshi ko'rib qoladigan, ularning qilgan bizga bergan 2-4 puli bilan, narsadan ularni ham bizga dalil bilan, isbot bilan ularning bizning düşmanımız hem din düşmanımız ekanligini hem bir insoniyatning düşmanı ekanligi zaten Allah'ni tanımagan bir ularda kelgan necis mahluqlarniki mushundaq darajada betbeşe mahluqlarning bizga hech qanday foydasi kelmaydiganligini bizning onglarimizga singdirib, qon tomirlarimizga ichirib etgandan keyin bular biz shu yerda Xitoylar bilan munosabatimizni, chekchiroyimizni ayiradigan. Bu ayirishning bedeliga, bu tabliq, bu da'vatlarning bedeliga biz millatimizning madaniyatimizni, qanimizning sofligini, qizlarning aralashib ketmasligi, o'g'illarning buzilib ketmasligi, Xitoylarda chang-to'zonning bo'lib ketmasligini qo'g'didik va bu qo'g'dash bedeliga agar biz u yerga kirgan bo'lsak, shaxsan men kirib chiqqanlarning birisi ularning so'roqlardan chiqqanlarning birisi buni qo'g'dash bedeliga, millatni qo'g'dab bedeliga birsimiz bo'g'dismi, shuning bedeliga qo'g'dab qilinish bedeliga kirgan bo'lsak, bu mencha agar kirishlam emas, tayoq to'qmoqni yeyishlam emas, balki o'lsakmi buning bedeliga arziydi deb qarayman, chunki shu da'vatchi, shu ustozlar shu vaqtda bo'lmagan bo'lsa vatanda bizga shu to'g'ri bilan xatoni tunutib, eng oddiysini so'zlab bersak, masalan, sizlarga zaten biraz qisqartgan bo'lsangiz o'ylab o'ylanmaslikdan xato to'g'riliqini bo'lsa-mu bizga bildirmagan bo'lsa, shu vaqtda biz kelishib ketdik, millatning yo'qolishi shu yerdan boshlandi. Xitoy u vaqtda qonsiz holatda, noyda oson holatda o'zining maqsad muddasiga yetgan bo'ldi, lekin bu maqsad muddasiga bu da'vatchilar, bu ustozlar yetkazmadi va bularning to'pisi va cho'nqir deb shaxsan men o'ylayman, chunki shu to'plarning qatoridan dushmanni tunigan kishining qatoridan birisiman. Shu buni qisqacha so'zlab qo'yishni to'g'ri topdim. Ko'p rahmat. Unda bo'lsa oxirsi Hüseyin efendim şahit mi çıktı? Gepingizningki bugun abayqi nemizda cho'ng bir temaga tushdik. Eng oxirsida haga vaqtimizda uzoq vaqt chiqib qoldik. Buni endi davomlashtirmaymiz. Buning uchun yana bir cho'ng program va bir necha programmalar aslimalar yozildigan pak to'plashlar elib berilishi kerak. Chunki siz degandek 97-yillik vaqa bir qism kishilarning qalamidan G'ulom Kamil boshqalarning qalamidan ozroq yozildi, lekin yana nurg'un qarang'i taraflar bor. Bu Suriyadagi ishning nurg'un qarang'i taraflar bor. Bu ishlarni biz cho'qim qilishimiz bor. Men bir 90 gapimni endi cho'ng narsa kelsak, bugungi vaqtinglarga, bugungi zehninglarga, so'zlaringlarga aql durdonlarga ko'p rahmat inilarim. Oxirgi bundan keyingi ishlaringlarga yo'q, ishlaringlarga oxirgi ishlaringlarga usuq tilayman. Oxirgi telefon bo'lsin, men shu oxirgi telefon hamsa qana. Bu shu son olsun, bu odam 2-3 qatam urib ketdi, bayatni urilsan olmadi. Xo'sh. Anlab baqiliqini. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. So'zni qisqa qilishga tirishgan bo'lsak, vaqt qistab ketdi. Ma'qul. Bo'ldi, 2 minutdan vaqtda nima qilmayman, savol emas. Biz sizlarga sizlarni tabriklaydi, shuning uchun telefon qildim.
Assalamualaikum Ahmetcan efendim, Hüseyin Tecelli efendim ve doktor efendim, yaxşımısınızlar? Bütün körümen kırındaşlar. Bu yerde Allah'a şükür bizning bir şunda bir erkin hamma adam telefon qilib o'zining nima demakligini deyoladigan bir mediayimizning erkin medianing sizlar ishqinlarning qo'lida erkin turganligini biz aytib faxrlanamiz. Biz Uyg'urlarga Xitoylar psixik hujum qilyapti chet elda, bütün Uyg'urlarga. Buningki bir yeyishib buni nima qila oladiganlar xalqning ruhini ko'taradigan menda erkin media. Bunun yani erkin media ve davetler yani İslami, dini ve siyasi davetler. Bunun için sizlerge köp rahmet aytaman birincisi. İkincisi sizlerning bu şunda nimalarga uchrashinglar aniqamda psixik hujumlarga. Sizlarni unda qildingiz, bunda qildingiz, anda qilmay, manda deyishingiz kerakda, mani so'masligingiz kerak, mani so'ying, sen bunda dedim. Bularga sizlar psixikalarni buzmasliklarini, yani biz uchun xalqimiz uchun, izlayotgan bichora xalqimiz uchun psixikani buzmasdan nayati erkin holatda bir media nimamizda saqlashinglarni umid qilaman. Ikkinchidan iqtisodiy qiyinchilik masalasi. Bu masalani jiddiy bir hal qilishimiz lozim. Sizlarning bu o'zinglarning turmushi, oilanglar, hammadamning bu Uyg'urninki davosini qilma deydigan haqida bir shaxsning, tashkilotning, kollektivning o'ziga tushliq nihoyatda jiddiy iqtisodiy qiyinchilik var hozir chet elda. Biz Xitoyga qarshi bir media urush qilyapmiz. Yani sosyal media, yani teşviqot urushi birinchi o'rinda turadi hozir chet elda. Yani nimalarda chet elda emas, bu 21. asrda teşviqot urushi birinchi o'ringa chiqiliq. Shuning uchun biz har birimiz bu erkin media shaklini qo'llanishimiz va unda qo'llashimiz kerak. Birinchisi shu. Endi ikkinchisi Hüseyin Tecelli efendi o'zining mas'uliyatini qildi deb qarayman butunlay. Bunga anda yani vatanda bir davet qilib Uyg'urlarni chet elga chiqqan u bu deganlarning hammasi o'zining kallasi gibi xiyol, o'zininki nimasini tam usib, o'zininki dardini ololmayotganlikdan bizga atib qo'ygan bir Xitoyning nimasiga uchrab ketgan yoki Xitoyning odamlari degandek nurg'un ishlar bor bu yerda. Bu yerda bekim davet qilib bir yerga ochib qo'yilmaydi, ya'ni qilib qo'yilib bo'lmaydi. Ham qilib bo'lmaydi. Chunki biz Xitoy bilan dunyo va oxiratlik dushman. Xitoy bizning dushmanimiz. Xitoy bizni qanday qilib yo'qotishni, qanday qilib ziyon solishni kech kunduz o'ylaydi. Bizga kech kunduz zaharxandalik qiladi. Xitoy buni allaqachon bir odamning vositasi bilan qilmoqligini, u biz da'vat qilsimi, qilmasimi, u Xitoy yo'qotadi. Dal shunday da'vatning bo'lganligi uchun biz ayada doinib ching turdik. Dinimizga ching aslib turdik. Millatimizdan devletimizden yani zihnimizni Xitoyga tatqizib qo'ymaslik ideyasiga keldik. Yani mustaqillik bir ideyaga keldik. Bunun için hammalarninki shuni bir to'g'ri o'ylab, to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Qolgan bir talabim bor, bu Hüseyin Tecelli efendining ibay degandek, abayam degandek bir ayrim bir media bir sohbet uğurlaştırışını yani şunda üç öğlen şeklinde bir sohbet uğurlaştırışını talep kılma. Hammalar rahmet gepim tugidi. İqtisadi nimini ciddi bir o'ylashadigan bir ishni qilsak bütün xalq bir qo'llash nimasiga o'tsa deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat. Endi ben oxirlashtiray bo'ldi qarindoshlar. Abay Hüseyin Tecelli meni hisob to'g'risi degan gapimizdan ochiqlangan temani xalqimiz shunda ko'tarildi oxirida sizlarninki qiyinchiliklar uchun. Xudoyim Allah shunda ulug' ro'z Ramazon vaqtlarida sizlarning dardinglar bo'lsa ko'tarib o'tgay. Bizning xalqimizning yordamini aymag'ay sizlar uchun. Oxirida bugungi programma sizlar qayta kuchigandek vaqtni kontrol qilishda, paqirmi vaqtni kontrol qilishda mag'lub bo'ldim buga. Ammo uningda boshqa yerlardan ko'nglim yo'q, o'zim deydigan, so'raydigan savollarni nima qildim? Azroq qattiq bo'ldi. Azroq sizlarni bir qilib tushunmoqchi bo'ldim. Ahmetcan efendimninki bu bank ko'rsatgan qarshiliklar shunday bo'ldi. Savol so'rab javob berishdan bo'ldi. Shunday qilmasak bu texnikdan uzraydi. Ko'p rahmat qarindoshlarim. Xuddi Tecelli efendim degandek xalqimizning ko'zi va elning ko'zi 50 degan gap bor Uyg'urlarda. Sizlarning qilayotgan ishinglarni xalqimiz ko'rib turdi. Ehtimol xalqimiz shunday bir sizlarga har vaqt bir rahmat deb turadigan bunday bir kultur yetirilmagan bo'lishi mumkin. Ammo xalqimiz yurgida biladigan, yurga intayin oq va pok bir millat biz. Bu jihatda ilib o'tgan vaqtda xalqimiz sizlarning bu ajringlarni hargiz unutib qolmaydi. Hali ham buningdan keyin unutib qolmaydi.
Şuningdan oxirisi hammanglarninki Rozi eyinglarninki xotirjam chiqishiga tilakdoshlik bildiraman. Bugungi programmamiz mushab tugidi. Hammanglar rahmat. Tanqidinglar bo'lsa, fikringlar bo'lsa, endi qo'yinglar, endi aldirma o'qiymiz endi. Rahmat. Programmamiz yana telefon keldi, ammo qabul qilmaymiz endi. Sadishgan ekan. Agar bir xalqimizdan bak jiddiy bir murojaat bo'lib qolib qolsa, yana bir qitimlarda Ramazondan keyin o'rinlashtiramiz. Chunki tun 3 jarayon tunji qitim dardimizni to'kdik. Yüzde bir kısmını inşallah. Aldığımız zamanında yani bir doktorun vakti bo'lib qolsa o'rinlashtirsak bo'ldi. Zaten programni riyosetchilikni men qilaydi. Doktordan men shaxsan qabulmadim hech qanday gibiga. Iqtisodning gibini qilishda biz nomus qilamiz, xijil olamiz ilqi. Ma'lum mundaq o'zining iqtisodning gibini qilgani mundaq bo'lganmi deb o'ylab qolasiz. Ash qarindishimiz guvohchilik berdi. Alloh rozi bo'lsin deyman, ammo ey deb qolaman bilqi. Bizlik ağamcıdan qo'rqadigan bo'lib ketdi. Bugun sizlarga obdan foyda qildi bu programma. Yuraklar deydi. Yani hamma ish ochiq bo'lish kerak. Bular shu ba'zi masalalarda ochiq bo'lmagan ishda xalq ishtik faraz qilib olib, taxmin qilib olib xatolashganning foydasi yo'q. Inshaalloh oldimiz zamonlarda eng murakkab masalalarni deyilsak bo'ladi. Inshaalloh. Ko'p rahmat. Programmamiz tugida ko'rmanlarimizning vaqtiga ve qiziqishiga ko'p rahmat. Hammanglar omon bo'lgaysizlar. Rahmat hammalarga. Program munosabatdan Mehmet'in Ali efendimizga cheksiz rahmat. Biz efendimning shu qo'llashi, jur'ati bo'lmagan bo'lsa, bugungi program o'ttirib chiqmaydi. Alloh razı olsun. Rahmat. Rahmat doktor sizlarga. Ma'qul. Alloh salomat qilsin. Qani